Hörmetli televizor körgüçüler, körvatqananlar haftalık mühim haberler programması. Ben programma riyasetçisi Reyhan Tecelli. Tövende dehqanlar haftalık mühim haberlerimizde bolsun. Xitay dairleri Uyghur diyardaki caza lagerlerini kesip ügütüldüğün intayin köngüllük bir cayda teşvik kılışı davamlaşmakta. Hatta Xitay chet devletlerge Uygurlarını mı öz içig algan heyetlerini evetip tətür teşvikat ilip barmakta. Xitay Uçur Toru'nun 23. oktyabr günü bisilgan Xitay Şinjan Medeniyet Almaştırış Heyeti Türkiye Akbarat Organları ve Tetkikat Merkezleri bilen fikir almaştırdı. Serlevhilik xavri Xitayning izchil davamlashayotgan ta'tir tashviqotning misoli deb qaralmoqda. Xabarda mazkur hay'atning 22 oktyabr kuni Istanbuldagi Osiyo Strategiya Tadqiqot Markazi va Demirören xabar agentligi mas'ullari bilan ko'rishib, Şinjanning taraqqiyoti va terrorchilikqa qarshi turish masalasida fikr almashtirganligi bayon qilingan. Xabarda Demirören xabar agentligi mas'ullari bilan elib berilgan uchrashishda Xitoyning asonliq millatlarga yurgizayotgan diniy siyosati, Şinjan rayonida tarixiy va madaniyat jihatda qo'lga keltirgan natijalari to'g'risida muzokara bo'lganligi aytilgan. Hay'at boshlig'i Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasi Chegara rayon tadqiqot bo'limi mudiri Xin Guangqing Şinjanning Yipek yo'li tugunidagi rayon ekanligini, Turkiyaning bu rayonni to'g'ri tushunishi Xitoyning islohot siyosatini atrofliq tushunishi uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligini ilgari surgan. Uningdan boshqa yana bu ziyorat haqida Demirören xabar agentligining to'r gazetida e'lon qilingan xabarda hay'atni mazkur agentlikning mudiri Salih Zeki Sari Danishmat apandining qabul qilganligi, xabar agentligi to'g'risida ma'lumot berganligi bayon qilingan. Uchrashishda Xitoy hay'atining boshlig'i Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi o'zaro ishonch kuchaysa, Xitoyning Turkiyaga soladigan mablag'ning ko'paydiganligini, Xitoyning turklarga viza jihatda qulaylik sharoit yaratib berdiganligini ilgari surganligi yozilgan. Pokistonliklar Bejingda namoyish qildi. 22 oktyabr ayoli Sharqiy Turkistonda lagerga tutqun qilingan pokistonliklar Bejingdagi Pokiston elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish qilgan. O'tgan yili Sharqiy Turkistonga tuqqan yo'qlash uchun kirib ketganicha izdirki bo'lmagan yoki Xitoy tarafidan atalmish tarbiyalash markazi nomidagi lagerga va turmalarga tutqun qilingan ayol va farzandlarining davosini qilish uchun bir qancha pokistonlik 15 minutlik sinliq ko'rinish ishlab Pokiston hukumatiga sungan. Sinliq ko'rinishda onalari lagerga tutqun qilingan farzandlarining ahu faryodi hamda Pokiston Türkiye bilan Xitoy 100 milyon dollarlık kelishim tuzdi. 22 oktyabr sayohat xabarlari to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya bilan Xitoy 100 milyon dollarlık film kelishimi imzolagan. Xitoyning Fujanda o'tkazilgan 5-chi qitimliq Yipek yo'li kino bayramiga Turkiya, Kanada, Gruziya, Serbiya, Kroatiya, Pokiston, Malayziya, Germaniya qatorliq 10 necha davlatdan vakillar qatnashgan. Türkiye'ge vakaleten yığınga qatnaşkan kinoçuluk fundi cemiyeti reisi Sayit Yardımcı bayanat berip Türkiye bilen Xitoyning hamkorlik dairesi içinde Xitoy bilen 100 milyon dollarlık hamkorlashib film suratga ilish kelishimi tuzganligi bildirilgan. Trump Xitoy iqtisodini texmo qaqshatmoqchi. I'm Ali Velshi in for Lawrence O'Donnell. Trade wars are easy to win. Prezident Donald Trump bilan qilishgan shaxsiy paroning mazmunidan xabardor 3 kishining aytishicha, prezidentning Xitoyga qarata tamojni bejini bo'shitish niyati yo'q ekan. Aksicha, Trump tamojni beji orqali Xitoy rahbarlarining jinini qaqshatmoqchi bo'lib, tamojni bejining unumi to'liq ko'rligicha bir oz vaqt oladi deb qaraydi ekan. Ularning aytishicha, prezident Trump Xitoyni 200 milliard dollarlik tamojni beji bilan texmo qaqshatqusi bor bo'lib, tamojni beji uzoq davomlashgan sari o'zining yana bir kozurining ko'paydiganligiga ishindi ekan. Trumpning
Xitoy bilan bo'lgan savdo urushi faqat boshlanishi bo'lib, Trumpning maslahatchilari Trump bilan Xi Jinpingning kelar oyda Buenos Airesda o'tkaziladigan yig'inda ko'rishsimi, vaziyatda yaxshilanish bo'lishi notayin deb qaraydi ekan. Trumpning iqtisod maslahatchilari hozirgacha ikki taraf uchrashishi to'g'risida aniq plan tuzmagan bo'lib, asosli sababi Trump Xi Jinping uchrashishi faqat ikki rahbar orasidagi yiriklishishni yumshatib, kuchayotgan savdo urushini pasaytirish qasdida o'rnashtirilgan. Ularning aytishicha, Trumpning hozircha Xitoy bilan murassalash yo'q bo'lib, faqat ko'proq kozirga ega bo'lishni o'ylab yotibdi. Amerika Davlat Moliya Ministrligi amaldorlari Xitoy suhbatlashguchi Xitoy muavin bosh ministri Liu Hening qo'l ostidagilar bilan muloqotda bo'lgan bo'lsa-mu, ikki taraf suhbat natijasi chiqmagan. Hozircha Xitoyning yuqori darajali suhbatlashuvchilari bilan bevosita aloqada bo'lmasa-mu, suhbatning o'ngishli bo'lishida ortiqcha umid yo'q ekan. Xitoy Nanxay dengizida askariy ig'vorgarchilikka tayyorlik qilyotidi. Amerika yerlik saylamiga kunlar oz qoldi. Dal mushundaq vaqtda Xitoy Nanxay dengizida askariy ig'vorgarchilik tayyorlik qilyotidi. Amerikaning Tinch okean floti 10-oyda Xitoyning strategiyalik dengiz tavallikida bir hafta davomlashadigan kuch ko'rsatish harakati olib bormoqchi. Bu qarorni qo'llaydiganligini bildirgan Amerika muavin prezidenti Mike Pence Xitoyni yerlik saylamga buzg'unchilik qilish va Trump hukumatini ojizlashtirmoqchi bo'lish jinoyati bilan aybladi. CNN kanalining xabariga asoslanganda xalqaro kuch ko'rsatishga hozirlangan Amerika floti jang aeroplani va aviamatkalarining moslashishi natijasida ko'p tarafli dushman kuchlari bilan urush qila oladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi ekan. Xabarga qaraganda Amerika Xitoy dengiz sohasiga yaqin rayonlar va Tayvan bo'g'izida askariy harakat olib berish orqali Beijing hukumatiga xalqaro suv yo'llarida erkin qatnashga bo'ladiganligini eskartib qo'ymoqchi ekan. Amerikaning bunday qilishi Xitoyning achchig'ini keltirib, Amerika urush kemalariga qarshi kuchli oldini olish tadbirlarini olishni keltirib chiqarishi mumkin. 1-oktyabr kuni Janubiy Xitoy dengiziga kirgan Amerika urush kemasini Xitoyning urush kemalari paylagan bo'lib, 15 metrgacha yaqinlashgan. Mutaxassislarning deyishicha, bu xil ahvol Xitoydagi Amerikani dushman deb qaraydigan guruhning ta'sirini kuchlantirdi ekan. 3 Uyg'ur Xitoyga o'tkazib berildimi? 25 oktyabr O'zbekiston televiziyasi xabarida 3 o'zbekning Xitoydan O'zbekistonga o'tkazib berilganligi haqida xabar bergan. O'zbekiston tarafining deyishicha, mazkur 3 o'zbek Suriyadagi Buxoriy qo'shinining qulluq a'zolaridan bo'lib, ular ayrim holda Afg'onistonga berib uzun muddat askariy mashq qilgan va amaliy harakatlarga qatnashgan ekan. Ular keyin Suriyaga kelib Asad rejimiga qarshi urush qilgan. Ularning birisi Suriyadagi Buxoriy qo'shinining Turkiyadagi aloqa ishlarini qilib, Turkiyadan Suriyaga odam avatishga mas'ul bo'lgan ekan. Yana biri Buxoriy qo'shinining asosli yetakchilaridan ekan. 3-kishi bo'lsa Buxoriy qo'shinining iqtisod to'plash va yig'ish ishlarining mas'ul ekan. O'zbekiston televiziya xabarida ular Turkiyadagi mazgillarda o'zining kimligini Uyg'ur deb tunishtirganligi, biroq ular o'zbek bo'lganligi uchun Xitoy ularni yaqinda O'zbekistonga o'tkazib berganligi bildirilgan. O'zbekiston televiziya xabarlariga asoslanganda, bu yil Turkiyada tarqalgan Turkiya 3 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berdi degan ko'cha paranglaridagi 3 kishining Uyg'ur emas o'zbek ekanligi ma'lum bo'ldi. Xitoy Amerikadan neft import qilishni to'xtatdi. Xalqaro to'sh mulozimati bilan shug'ullanadigan va bosh shtabi shirkatining direktori Shi Chunlin 2CMAS Hong Kongda bo'lgan davlat orasidagi savdo urushi sababidan Amerika va Xitoy o'rtasidagi neft tijoratining tamoman to'xtaganligini bildirdi. Hong Kongda ochilgan dengiz ishlari yuqori darajaliklar yig'iniga qatilgan Shi Chunlin biz eng burun Amerikadan Xitoyga neft to'shgan bir shirkat. Savdo urushidan burun bu yaxshi bir ish edi, lekin hozir tamoman to'xtatildi dedi. Amerika Xitoyga neft eksport qilishni 2 yil burun boshlagan edi. Butkul xalqaro jamiyatning diqqati Istanbulga markazlashdi. Turkiyaning sohibxonligidagi Suriya temiliq 4 taraf boshliqlar yig'ini Germaniya, Fransiya va Rossiya rahbarlarining ishtirok qilishida Istanbulda chaqirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida Germaniya bosh ministri Angela Merkel yig'inga qatnashish uchun maxsus aeroplan bilan Istanbulga keldi. Merkel oldi bilan Vahdattin sarayida tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu tarafidan qarshi ilindi. Ondan Cumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan tarafidan qabul qilindi. Erdoğan bilan Merkelning axborot vositalari yipiq holatda ishga oshirilgan uchrashishi taxminan yarim soat davomlashdi.
Merkel'den keyin İstanbul'a kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ve Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mu Vahdettin sarayda Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bilen bir yerge cem boldu. İlgilenişçe tötleri başlıklar yığınının kön tertip maddesini İdlib'de uğruş toxtutish hizmetini yenme puxta işleş ve Suriye kriziga çare tepiş üçün ortak tirişçilik körüstüş qatarlıq meseleler teşkil kıldıken. Amerika Hizbullah'a yeni embargolarını yürgüzüşke başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari Hezbollah tashkilotiga qarta yangi embargolarni yurgizishga boshladi. Turkiya ovozi radiosi xabari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 1983-yili Livanning poytaxti Beyrutda 24 Amerika askarining o'ltirilishining 35 yilligini xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan marosimda Hezbollahga yangi embargolarning yurgizilishiga boshlaganligini aytdi. Hezbollahning xalqaroliq iqtisodiy qo'llovchilarga taqobil turish qarornomasini imzolaganligini qayd qilgan Trump, Livandagi Amerika askarlarining hujumiga uchrashishini Iwo Jimadan keyin bir kun ichida eng ko'p Amerika askari o'ldirilgan to'limi echinishlik bir voqea edi deb atadi. Bayonotda bo'lsa, Trump hukumati tomonidan Iran hukumatiga va Hezbollahga qarshi yurgizilayotgan embargolar to'g'riliq eskartish berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump tomonidan imzolangan qarornomadan maqsadning Hezbollahni xalqaroda texmi yetim qoldirish ekanligi eskartilgan bayonotda bu embargolarning Hezbollahga yordam berayotgan chet elliklar, tashkilotlar va hukumatlarni nishon qiladiganligini ta'kidlandi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın seferberligi bilen bu yıl 27 April günü Avrupa İttifaqı aldıda 5000 kişilik namayiş ötküzülgen idi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın bu yıl 6 noyabr günü BDT'da başlandıgan Xitayning kişilik hukuk vaziyetini közden keçiriş yığını münasebeti bilen Cenve'de muhaciretki Uygurlarının ikinci qitimli xalqaralıq namayiş çaqırıqını ilan qılgan idi. Dünyanın her qaysi ellerdeki Uygurlarının yıkından buyan bu namayışqa aktif qatnashishni teşebbüs qildigan chaqiriqlari ijtimoiy taratqularda keng tarqalishga başladı. Chaqiriq e'lon qilguvchilar orasida Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimi bor. U o'z chaqiriqida bu qitimqi namoyishning BDT binosi oldida Xitoy dal kishilik huquq bo'yicha savol so'roqqa tortilayotgan bir mezgilda ilib berildiganligini tilga ilib, muhaciretdeki imkoniyati yer bergan barliq Uyg'urlarni Janvaga jam bo'lishga da'vat qildi. Jamal Qashqchining o'g'li Saudiya Arabistondan chiqib ketdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarının deyişçe Saudiya Arabistan'ın İstanbul konsulxonasida öldürülgen jurnalist Jamal Qashqchining o'g'li Salah bin Jamal Qashqchi Saudiya Arabistan'ı tashlab Amerikaga ketdi. Amerika medialarga bayonot bergan Qashqchi ailesidan bir kishi hem Amerika hem Saudiya Arabiston fuqarosi yana qo'sh davlat fuqarosi bo'lgan Salah bin Jamal Qashqchining bir qancha oy ilgari Saudiya Arabistondan chiqishga ruxsat qilmaganligini, biroq tunigun Saudiya Arabiston hukumatining ruxsati bilan Amerikaga kelganligini aytdi. Salah bin Jamal Qashqchining Virginia shtatida turishliq yana bir oila a'zolarining yinda turdiganligi uqtirildi. Hürmetli televizor görgüçüler, haftalık mühim haberler programımız muşu yerde ahırlaştı. Kiler qitim görüşçüce aman bulunlar. Hayır hoş. Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsin kuch qo'sh niyatida Uyg'ur Yar Ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib, ikkinchi qitimliq Uyg'urim Anam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini Ona til televiziyasi va Uyg'ur Yar tor betida e'lon qilamiz. Tor bekat adresimiz www.uyg'uryar.org, www.onatil.tv.
Gollandiyaning Den Haag shahridagi Kanavay restoranimizga xush keldingiz. Restoranimiz har turli milliy taomlarimiz bilan sizni kutib oladi. Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsa kuch qo'sh niyatida Uyg'ur yar ona til televiziyasi va Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz muhtaram qarindoshlar. Haftalik muhim xabarlar programmamizningki 6-soniga xush keldinglar. Bugungi bu programmamiz doktor Erkin Akram efendim bilan davom qiladi. Men naq maydondan Erkin Akram efendimga telefon qilaman va Erkin Akram efendimni bu ikronimizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Hürmetli Erkin Ekrem efendim, ikranımız hoş geldiniz. Herhalde avazını takılıp kalgan buluşu mümkün. Telefonun avazını bir içi besle. Sizin avaz kemmedi bizge hazır. Avaz bakıyor. Emdi keldi, rahmet. Boz biraz oң tarafki biraz sürülüp besle. Takım yakşı buludu. Oң tarafki. Benim kimi o mu? Sınının oң tarafları. Biraz özleri eğer sürülüş ihtimali olsa. Rahmet. Yani biraz ihtimal bu kastık yakşı. Oğuma. Rahmet. Hem de buldu mu? Rahmet. Kağındı ben özüm el kılı olay. Rahmet. Hemen programmamızga kirib ketsek, vaqtni cho'ng tutib, chunki nurg'un masalalarga javob olamiz deb vaqt yetmay, masalalarga javobsiz qoldik ekanmiz. Birinchi savolim, bugun gündemge, ya'ni qiziq nuqtaga kelayotgan nurg'un ishlar yuz berib, bizningki Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston davosi, bizningki bizga Xitoyning qilayotgan zulmlari yepilib qilinayotidi, ko'rilmayotidi, besilib qilinayotidi. Endi bizning bir beshimiz chiqib, xabarimiz anglanadigan bir zamonda yana bir xabar chiqib, dunyoning gündemini, ikrallarini, qiziq nuqtalarini egallab olib, bizning ovozimizning chiqishiga yo'l qo'ymayotidi. Allah razı olsun, bugün edigenki muhbirlarni kütülüş yığınlarını görüp nahit hoş oldum. Nahit güzel bir programı oldu. Aslında her gün bizdek yer şarıda bundak ciddi bir halet ketiyotgan milletinin her günü her yerde kızık nokta buluşumuz, gündemde buluşumuz pek mühim idi. Nim için biz halkara şekilde biz hazır oylagandım mı güçlük şekilde gündemge yeni kızık noktaga naq meydan kişilerinin dikkat itibarıga teşviqat sahasida kelinmeymiz. Yani bununki bir sebebi var mı? Tabii nurg'un sebepleri buludu. Birincisi hem de şu Uygurlarning ketiga xalqarada
teşviqat kılalaydigan kapasite ve gücü aciz bu yerda. Hı hı. Yani xalqaro medialarni o'zining diqqatiga tortadigan bunday bir kuchga ega emas. İkincisi dünyada hozir burunga qaragan chaqda konu tüzümler bozulup yeni tüzüm teki kurulmagan muş arlıq bir devirde yaşayatımız. Şununla vakalar köp buludu. Hı hı. Misal Amerika, Xitay münasebeti, Japonya, Xitay münasebeti, Germaniya, Türkiye münasebeti, Japonya, Hindistan münasebeti degandek bundak vakalar, yani bundak münasebetler tabii bir ahvalda şu gün tertiplerini, dünya gün tertiplerini işgal kılalaydı. Eğer de bunun da çoğun bir vakayla bop gelse Xitay çoğuluşu başladı, Xitay içki talaş tartış çıkıp gitti ya ki halk bir nime isyan kılıp gitti diyen vakti de belki dünyanın gün tertip gibi kiliş mümkün. Bazen bir pırsatma mesele. Misalga Ürümçi vakası bulvatkan vakti de dünyada çoğun vaka yoktu. O Prezident Obama'nın ki Rusya ziyareti vardı. Bunun Nakşi bu Michael Jackson'ın ki ölümü vardı. Onun dökünde Ürümçi vakası vardı. Şu başka o vakti de bütün dünyanın ki gün tertipkiye kireligen vakalar. Şuna bazen şu dünyanın ki gün tertipinin ki bir fırsat yaratılışıma bir adamın mühimdi. Şu fırsatını kandak tutuyuluş ve gün tertipini kandak uzutuş, yani uzun bir müddetke yiyiş, bula mühimdi. Bunu kılalaydıgan kabiliyetimiz de o seviyede emez. Biz bir devlet emez. Hazır meyli kaç teşkilat olsun bir devlet emez. Şununla devletin küçüğüyle kılalaydıgan bazı işler var ama teşkilat bulup devletin kılalaydıgan işini kılamaydı. Yani naq şu sizlar bilan qilayotgan bizning suhbatimiz faqatla bir konferans yoki bir leksiya shaklidagi suhbat bo'lmasdan davomli xalqqa bir uchur berish, ya'ni yo'l belgilash, yo'l ko'rsatish bo'libmi. Sizlar bilan biz bu yerda falsafa yoki kitob yoki yana bir narsa hikoya so'zlab o'tirishning hojati yo'q. O'zlar bir tadqiqotchi va strategiychi, ya'ni davlatning rasmiy strategiya mutaxassisi. Bunda bo'lgankan bizning hamda xalqimizga nisbatan bir oltin bu vaqtdan foydalanib sizlardan davomli bir narsa o'rganishimiz, ya'ni real amaliy bir narsa o'rganishimizni men nihoyat muhim deb bilaman. Uning uchun iloji bor teoriy, nazariy, falsafiy narsalarni paranglashdan sirt biraz amaliy masalalarni paranglashaylik deb men bu shakldagi savollarni so'rayapman. Chunki men bir tashviqotchi bo'lish sifatim bilan bugun bu Jamal Qo'shiqchi degan odamningki masalasining butun dunyoga yeyilib ketishi, hamma yerda shuning masalasining bo'lishi, amaliyotda undaq Jamal Qo'shiqchidan muhim bo'lgan o'nlarcha, yuzlarcha bizning olimimiz hamda xato tushunish bo'lmasinki, o'ltirilyapti, turmoq solinyapti. Dunyoning hech bir diqqat e'tiborini biz ololmayapmiz. Buningdagi masala bizning davlat bo'lmaganligimizda, teşkilatımızın güçlük bulmaganlığımızda mı yoki bu yerda bir vicdansız bir dünya göz aldığımız görünüyotamdı. Yani bunu bir uçuklayıp o'taylik ki bunun bir amalını tapaylı demekçiyim yani. Bugünkü dünyada kurulgan devletlerin köpüncüsü şu ulus devletiga, şu nation state modeldeki devletler. Bu devletlerin ki kıymet qarashlarga qaraydigan bo'lsam, bu adalet, vicdan degan narsalar pek yok. Ve ulus devlet burun cemiyetinin terakkiyeti, devletin terakkiyeti, yani iktisadi, teknoloji, marif degandek terakkiyetiga bir töpe koşkan, hatta can kılıştıma texmo önemli bo'lgan. Çünkü burunki urushlarda, yani bu ulus devlet kuruluştan evvelki uruşlar, iki padişah uruşudu ama halk arasında belki yani ticaretini kılıyordu ama ulus devletinin modeli şekillengendikken topyekun uruş bo'lib ketgan. Birinchi, ikkinchi dunyo urushini nishadi ko'ramiz. Faqat hozir taraqqiyotlar o'ttirg'i paydo bo'lgan nurg'un yeni masalalar bor. Hozir ulus devlet shu masalalarni hal qilmayapti. Hamda ustiga bu hozirgi degan vijdon va adolat tuyg'usi ojiz bo'lgandan keyin
Endi devletler hemisi özününki menfaatiga qarab, adaletine veya vicdanı maaşı özünün menfaatiga qarab burumlab antıp da emdi. Şoňaşqa bazı vakalarını şu ulus devlet modelini esas ilip düşündürüş lazım ki bu dünyanın bir real ahvalı bu. Hem de bu devletlerde bu vicdani ve bu adalet duygusunun ki aciz buluşuyla bir yerde bir haksızlık bir netice mi yaratıladı. Hem adam özününki devletinin menfaatini qoğdayman dep düşündürüşle tırışı demdi. Bunda bir peytdemdi. Xitay bilen menfaati bolgan devletler hem de Uygur meselesi bile pek şoğunup ketmeydi. Fakat burumu müşahedeme çıktı işte, Garip devletlerinin ki kişilik hukuk deydiğen bir ufkum var. Bu kıymetlik ahval Garip devletlerinin ki bir kısmını, hemisini boğmasını, bir kısmının Xitay'nın Şarkı Türkistan'da жүрgüzüvatkan bu zulüm siyasetine karşı mı tenkit avazlara köp çıkıvadıdı. Hatta şu Uygur tarihini tadkip kıldığan tarihçiler mi hazırda şu gün tertipteki meseleler bile mi şokunuşka başladı. Demek ki ulama çiğdimağanlığını köstüdü bir yerde. Şoňaşqa meselege karganda yani Garip'nin hemmesi kollasın ya ki İslam dünyasının hemmesi kollasın ya ki bu Türk dünyası hemmesi kollasın digili bolmaýandy. Bugünkü dünyanın ki tüzüme muşu emdi. Tamam biz bu ulusal degen bu meselede biz mi ulusallaşaylik ki ondaqda yani endi uncha vicdansız, imansız bolup ketmegen taqdirda mı bizning davaýymyzyň bu ciddi bir noktaga kelişide biz qandaq bir ulusallaşa alaýmyz? Davaýymyz qandaq bir halkaralaşa alaýdy? Birisi şu çeteldeki teşkilatlarının ki Hristiyanlığı, onundan ki Nebemen diyen Garip devletlerinin ki şu kıymet karaşları, onundan ki siyasi tamponluklarının özgür işi, mesela Amerika Xitay arasındaki jiriklik digendek, muşundak fırsattan faydalanış. Ama bu dünyadaki yani çetelde kurulgan Uygur teşkilatlarının ki hemisi dernek NGO şeklindeki teşkilat. Ulanın kılalaydıgan işi var, kılamaydıgan işi var. Yani bir devletlik iş kılamaydı. Şoňaşqa devlet kurulmagyça, üzerinin ki ilgilik hukuku bile kurulgan devlet bolmagyça bazı şu kıyınçılıklarına tadıdığan gapy. Yani bugünkü xəbərimizdə birinci xəbərimizdə Xitay teşviqatqa, yani bu Türkiye bilen bolgan bir 100 milyon dollarlık bir meblağ kelişim imzalaganlygyny, buningda şu kino film bolapmy İpek yolu meselesini çördügen asasda bir kino bayramy yoki kino musabaqasy kılıp bununla Türkiye bilen bolgan kelişimde 100 milyon dollar meblağ sapdı. Bu nimeden derek berdi? Yani bu fakat kino işleşini maksat kılamdı ya başka bir bunun tegide başka bir hareket mi bağ mı yani Xitayning Türkiye'de meblağ seriş? Xitayning ki Türkiye'de bir qancha menfaatleri var. Birisi şu biz devatkan yeni İpek yolu stratejini amalga oshirish uchun şu Türkiye stratejiya ahamiyati var. Mishadin o'tish uchun, Avrupa bilan bağlash uchun misha muhim endi. İkinciden Şarkı Türkistan meselesini cimıktırış için yani Şarkı Türkistan Türkiye'nin ki muhim bir rolü var. Çünkü Xitay Şarkı Türkistan davasının ki merkezini Türkiye'de gördü. Meyli hata meyli doğru ama aşında karaydı. Şoňaşqa bu Türkiye'de ideolojiye cetten, ideya cetten yetişivatkan bu davagerlerini cimıktırış ve şu teşkilatlarını hemen yiptiş. Məqsədi şu. Yani bir menfaat bolsa ama Türkiye şu Afrika, Asya ve Avrupa'nın ki şu bağlangan yerde. Mişerde bir bazı kurulu aldığan bolsa dört tarafga asanla baralaydıgan bir ahval var. Bu köperek şu ticaret ve iktisadı bilen münasebetlik. Şoňaşqa Xitay Türkiye'de özünün ki
obrazını tüzütüş için müştak Türkiye'ninki TRT idaresi ile Türkiye'ninki xilma-xil şu axbarat teşkilatı ile medya teşkilatı ile ve şundaqla hazır ısıl degandek müştak kino işlep onundaki hüccetlik kinolarını işlevadıdı. Yani Xitayni Türkiye'ye tonutuş ve Xitay halkınınki, Xitay devletininki Türkiye'deki halkının düşengen ondaq bir obraz bolmaganlığını pakizlaş ve temizleş için bularını kılıvadıdı. Yani bir xil teşvikat bu hem de. Hem de kino hem de qanday kino işleydi. Misalga xil şekili buluş mümkün. Bir timini tapıdı. Ondan keyin Türk artistler, Xitay artistler birlikte oynagan bir kino buluş mümkün. Ya ki Xitay tarihteki bir vakani bugünkü mundaq aylandırıp, ondan keyin Türkiye'den Xitayga ziyaretke berip kervan bilen, ondan keyin qanday qaytganligini mazmun qilib yana bir kino işleyelaydı. Ya ki bugünkü bir Xitaylarning ki Türkiye'ye kelip bo'lgan maceralarını işlep bir kino qilib bo'ldi. Shundaqla Xitay Türk halkının arasındaki o jirahlıkını texmi yaqinlashtirish. Bir-birini tanımagan iki cemiyetni bunda tanıştırış halı ekilişim. Maksat o. Yani bu meselede men teşviqat jo'g'anligi uchun biroz chunqurlayman va bu xizmatning muhim bo'lganligi uchun. Yani Xitoy o'tgan qitim Amsterdamda ma'lum bir Türk teşkilat yig'in ichib, shu yig'inda Xitoyninki bu İpek yolu meselesi, İpek yoluga chetildigan balkim taxminan 60 davlatda bir yerdan boshqarilgan bir markaziy kanal ochadiganligini u yig'inda deyildi ve buna mablag' soldiganligini dedi. Mencha Xitoy yaqin zamanda buni ishga oshirishi mumkin. Yani bu İpek yoluga munosabatli bo'lgan davlatlarda Xitoyninki TT deb bir televiziyasi ichilishi mumkin. Bunda qilgan vaqtida Xitoy yana dunyoni cho'ng ko'lamlik bir teşviqat sahasida aldab ketadi. U vaqtida biz nima ish qilamiz, qanday qilamiz demoqchi. Hem de bunda ahvalga karşı çıkıştan başka yol yok. Hem de birisi Şarkı Türkistanlıklar halkara sahnede xil platformlarda faaliyetini tekimi güçlendiriş lazım. Güçlendirişler digen vaqtida nurgun mesele kirdi bununla. İkinciden şu G'arb devletlerinki Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlari, G'arb devletlerinki sahip bo'lgan bu qimmat qarashlaridan faydalanıp kılış lazım. Onun için yükselgen Xitay çokum düşmanı mı köp oldu. Yani bir adam oturup çıkmasa onunki düşmanı köpeğendek, onun gajlayla adam köpeğendek devletlerde mi şundak bulur demdi. Şunun karşında Xitay öyle husumet boğan yani ihtilaf boğan devletlerle mi münasebetlerini kurup belki bazı faaliyetlerini ilip bağlı bulurdu. Onun başka bir dep öttük. Şu Xitay'nınki Konuz'un ideyasını, Xitay'nınki medeniyetindeki aşındaki insani bulmagan neslerini, düşüncelerini, ideyelerini paş kılış. Bu paş kılış ile birlikte onunkin G'arb devletlerinin, Türkiye'nin, şundaklı başka devletlerinin halklarınınki göz karışını ve Xitay obrazını özgertgili buldu. Ama Xitay medeniyetini, Xitay felsefesini, Xitay ideyalarini tadqiq qilish uchun unaqa hamda yetishgan shu mutaxassislarga ehtiyoj bo'ladi. Bu yerda Xitoy agar mundaq bir televiziya kanalini ichib butun dunyoda o'zininki madaniyatini, o'zininki kuchini, o'zining iqtisodini to'ntadigan mundaq bir ahvolni shakllantirolsa, albatta bizning yana bir cho'ng mag'lubiyatimiz bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki teşviqat mundaq bir ijobiy bir şekilde işletsek undaq bo'ladigan qapqara salbiy şekilde işletsek salbiychi mangadigan bir vosita bo'lganligi uchun Xitoy har kun o'zini maqtab butun dunyoga o'zini oqlab chiqishi mumkin. Chunki men uning ishini teşviqatda oq desa oq, qora desa qora bo'ladigan bir masala bor endi. Bunga nisbatan sil bir strategiyachi endi davlatninki yoki shu millatninki oldin ko'rar odamlari. Biz ezelden stratejiyi ketkizip koyduk. Yani stratejiçilerimizni yo'lmaganligimiz, ularga yo'l bermaganligimiz tufayli bugün yana bugün hem
nisbiy shunday bo'ladi. Oldimizdagi yillarda tashviqot sohamizdagi ilgirlash agar Xitoy bunday qilsa bizni yeyotidi, men shaxsan ashtaq deb qarayman. İlgirlashda biz qanday bir yo'l etishimiz kerak. Ya'ni tashviqotga qanchalik mablag' selinish lozim. Biz to'lab baqdiq. Qarindoshlar tashviqotga mablag' selinglar, studiyalarimiz bo'lsin, televiziya stansiyalarimiz bo'lsin, hech bo'lmasa bir qonunimiz bo'lsin dedik. Bu kichik ish bo'lmaganligi uchun qilolmay kelyapmiz. Terishyapmiz ammo buningga bir strategik bir plan yoki bir ko'rsatma ko'rsatsizki xalqimiz yana bir hech bo'lmaganda Xitoy televiziya kanali qurganda bizning Uyg'urlarning bir tashviqot markaziy bir organimiz bo'lgandek bir shaklda bir roburo shaklda mangaylagan. Bunun bir yo'li nima yani? Bu tashviqot sohasini kuchaytirish. Bunun hazır teşvikat, bu güçlük bir teşvikatını kurup çıkışı için hem de devlet bulmagan takdirde kurup çıkman deydiğen bolsa bir kança meseleler var. Birincisi pul yok. İkincisi bu teknikni bildiğin adam yok. Yani takıtış mesele, yani teknoloji bilen. Üçüncüsü bu işini bildiğin adamlar pek yok. Bunda bir peyde hazır kıldığın iş, hazırmış 3 tanesi kamnesini hal kılış lazım. O üçüne hal kılmagan takdirde hem de bir teşvikattan ki küçük bulamaydı. Çünkü bu garip dünyasında teşvikat yani medya üçüncü güç de küstüdü. Yani adalet sistemi, meclis sistemi ve şundakla icraî tüzümü bile birlikte bu medya dördüncü bir güç olurdu. Ve bazı yerlerde, bazı devletlerde bu think tank yani düşünce enstitü degandek maşındaki yerlerine dördüncü güç de köylü anlamı var. Bulup Amerika'da bu pek malum. Şu an kamçılıklarını başta toluklaş ve yolga çıkış dep oylayman ben. Bununla nispeten bu alayida qarash yo'qmi? Yani bu teşviqotga alayida bir mablag' selish, alayida plan tuzish, alayida qarash. Xuddi sizlar bir bu millatning ideologiyalik bir kitob yozib chiqilishi lozim deganga o'xshash ideya jihatdan. Teşviqotdan iborat bu kuchni qo'lga olish uchun masalan Dünya Uyg'ur qurultiyining buningda bir atgan qadami, yani televiziyasi bor-da, ammo biraz güçlük bo'lgan bir teşviqot sistemasini barliqqa keltirishdi. Bundaq bir yig'in ochdinglarmi? Buni deyishdinglarmi? Bunga bir qadam etildimi? Mush eng oxirgi savolim. Şu yig'inning qarorining neticesi şu içilgan kanal. Ama bu kanalını işletiş için veya onu tekime bir seviyeye ekiliş için ebemen digendek nurgun kam nesler var. Bu kamçılıkını hem de toluklaş asan bir iş bulmağa aşkar o kanal hazırca acizdek görünü var. Ama günün birinde eğer de bir proje bile Avrupa'da Amerika'da bir pulunu tapkan vakti da maliyetten bir destek kildiğen vakti da belki güçlüğünü de o vakti da hem de pulun boğaşkar müteessini vekiledeyse teknik adamlarını vekiledeyse bu vaqtda da teşviqat ondan keyin yaxshi qarab mangdi deb o'ylayman. Bununla proje tayyor qilish lozim. Hem Avrupa Birliği'de nurgun shundaq medyani qo'llaydigan, qo'llash uchun ayritgan pullar var. Amerika'da mı shundaq var. Ashlarga murojaat qilish lozim, ama ularningki talab qilgan moddalariga mos kelgan taqdirda o pul berildi hamda. Hem de aşını yazıp çıkıdığan yani proposal degen şu nimene iltimasını yaxşı yazıp çıkış lazım. Hem de onu kim yazıdı meselesi var. Rahmet, bu to'g'risida mushunchalik to'xtalaylik. Yani sizlar bir strategiya kelgusiga nisbatan qanchalik oldida qaraydi, uni men toza bilmayman. Yani strategiya orqamizda qolib qolgan o'tgan yillarning ibratini, tajribasini yakunlab chiqib, buningdan keyingi kelgusiga nisbatan picham-pichamdi. Avval men buni bir so'raydi. O o'tmishdagi bo'lgan voqealarni tarixchilar hal qiladi uni.
Yani vakani hadise halıqa ekilidi. Bo'lmasa o misalga bazı tarixçiler bir vakani bir ömür boyunca tadqiq qiladi. Ama ahiri yakun chiqirdi, o bo'lsa bizning degan hadisani. Bugünkü insanlar şu hadiseden faydalanıp tarihte qilgan xato ishni qilmaslik uchun tarix o'qiydi. Yani tarihteki urush jidallarni bugünkü ekilib, yani yeni bir jidalni chiqarish emas. Eğer onu qilgan bo'lsa, onunki başka bir maqsadi bor degan gap. Endi o'tmishni tushungan birisi, bugunni mi yaxshi tahlil qilgan birisi, tabiiy bir ahvolda kelgusiga qarta qanday yo'l tanlaymiz, qanday nishonga erishimiz, bor kuchni qanday taqsimot qilamiz va qanday bir nishonga, orzuga erishimiz degan vaqtida bu strategiya kirdi. Yani strategiya kelgusini tayyor qiladigan bir tadqiqot bu. Kelgüsini tayyor qiladi. Kelgüsiga nisbatan yani planlar bo'lamdi. Masalan, bundan keyingi masalan aldığımız masalan Türkiye'ninki 2023, 2040 neçe 2071 degandek mushundaq so'zlarga nisbatan teoriy planlı bo'lamdi yoki faqatla so'zda bir xiyol qilinamdi bu? Başta bir xiyolni qurdi. Xiyolni amalga oshirish uchun onunga bir nishon tiklaydi. Nishon tikilgandan keyin, o bizda bir til bor, o ko'ringan tog' jiroq emasda. O ko'ringan tog'ga qarab, ya da nishonga qarab, ondan keyin yo'l xarita sızıldı. Yo'l xaritani sızgan vaqtida qanday yo'l bilan mangmiz, qanday vosita bilan mangmiz, nimani qilgan chog'da bizning ishimiz osonlashadi va yoki nishon bek cho'ng bo'lib kelsa, buni 2-3ga bo'lib, birinchi qadam ma'vu, ikkinchi qadam ma'vu, ama birinchi qadamning natijasi cho'qim ikkinchi qadamninki sababi bo'lishi lozim. İkinci qadamninki natijasi uchinchi qadamninki sababi bo'lishi lozim. Buni ishlagan vaqtida nurg'un akademik ilmlari, ma'vu strategiya tushuncha institutininki dokladlari ve shundaqla axborot tashkilotininki tepagan ma'lumotlar bilan onundakin to'g'ri bir yo'lni tepishga tirishadi. Agarda men abay degan ma'lumotlarninki birsida xato bo'lib qolsa, mangan yo'lma xato bo'ladi, nishonga erishish jarayonida qiyinchiliklar bo'ladi. Ba'zan yaxshi plan qurilmag'achqa, o nishonga erishamaydi, u vaqtida abayman degan xiyol rostli xiyol bo'ladi. Shuningga bu mening davatgan bu yerdagi xiyol bir g'oya. Misalga Uyg'ur xalqining g'oyasi nima? Nimani istaydi, nimani orzu qildi? Buni orzu qildi deganiki, mushunga bir nishonni tiklaydi deydi. Bir nishon topadi. Shu nishonga erishgan vaqtida shu g'oyama amalga oshgan bo'ladi. Nishonga erishish uchun abayman degan plan, shu strategiya degan gap, ya'ni yo'l xaritani sizib chiqadi. Yo'l xaritalar tayyor bo'lgandan keyin 4-bosqichda undan keyin siyosat boshlaydi. Undan keyin politika boshlaydi. Siyaset ve politika degan narsa renklik narsa, esnek narsa, elastik narsa, o'ngni ko'rsatib solni urdigan narsa. Yani politikaga qarab to'g'risi mushuka deb degil bo'lmaydi. Chunki o seni belki o'zining istagan yo'lga yetaklayotadi. O'zininki ko'rsatgan nishonga seni yo'lga siltayotadi. Sen agarda ashuna politika gaplarga ishinib shu yo'lga chiqqan bo'lsang, o'zingizdan tortsa. Undaqda politikani yaxshi bilish, siyosatini yaxshi bilish uchun uning strategiya planini bilish lozim. Abay dedim, strategiya planini qurgan chog'da nurg'un ma'lumotlarga ehtiyoj bor. O ma'lumotni sen yaxshi bilish lozim. Hammani bilamaysan, ama bir qismini bilish lozim, da. Ondan keyin o yo'l xaritalar ve planlar şekillengendan keyin ondan keyin 4-bosqichdagi siyoset bo'ladi. Shuningga bu bir bütün. Bizningki davatgan davomi shu 4 narsadan tashkil qiladi. G'oya, nishon, strategiya plan ve siyoset, ya'ni politika. Bu 4'ünün hammasi bizningki davo bo'ladi. Davomizniki qisqaltib so'zlaydigan bo'lsak,
milletimizningki ve vatanımızningki xavfsizligi ve halkımızın, devletimizin, yani kurduğun devletimizningki terakkiyeti. Bu bizning asas maqsad bo'ladi. Bunga erishish uchun har xil vositalarni ishlatgan bo'ladi. Bu vaqtida to'g'ri tanlangan bo'lsa, to'g'ri yo'lda, xato tanlangan bo'lsa, xato yo'lda. Nima Her uchun xatoning bir bedeli var, to'laydigan. Xuddi bir to'g'ri ishningki bir mukofoti bo'lgandek. nima uchun bu savolni so'radim degan vaqtida ya'ni ikkinchi bir savolim bor bu yerda, buni unutib qolmayman deya gap qo'yma. Birinchisida ne hozirgi vaqtimizda sizlar bir strategiya mutaxassis bo'lish sifatlari bilan kelgusi 2 yil ichida Xitoy bu lagerni o'z ichiga olgan shaklda nima strategiyasi bordi va bizning nima strategiyamiz bor yoki sizning nima strategiyalari bor? Buni qisqacha bir so'zlaying. Hamda kelgusida nima bo'ldi deganni hamda bir qismini inson bilalaydi, bir qismini bilamaydi. Hamda qarshindagi Xitoy o'zininki bu xil siyosatini maxfiy tutdi. Shu lager masalasini maxfiy tutqachqa mana 1,5 yildan keyin aran teshilib chiqdi. Agar 2014ni qo'shgan vaqtida mana 4 yildan keyin bo'ldi degan ekan. Ammo Xitoyninki bu lagerninki maqsadi nima degan vaqtida Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish. Va shundaqla hozir Uyg'urchada bu gap bormi bilmayman, homogenlashtirmak. Ya'ni Xitoy bilan o'xshashlashtirmak. Shuningga to'ylikni zo'rlayotdi, nima tilni yo'qotishga dinni yo'qotishga ya'ni seninki kimliklarninki aloyidliklarni hammani yo'qotishga tirishayotdi. Bu aniq bo'ladi, endi. Agarda maqsad mushu bilib oldik, undaqda qildi lager ishi. Ya'ni men Xitoy bo'ldim, men cho'shib go'sht yeyman, men islomga ishonmayman, men Xitoy partiyani suymayman, men Xitoy millatini suymayman. Men shu Xitoydek bo'ldim deb, shu seviyaga kelgan bo'lsa, Xitoy ularni asta-asta qo'ydi endi. Yoki kasal bo'lib, o'lay degan vaqtida balki qo'yib o'tish mumkin. Ammo yana bu yoshlar bo'lsin yoki bu Xitoyning bisimiga bo'ysunmaganlar bo'lsa, ularni yana tutishga davom qiladi deb o'ylayman. Endi uni ko'z bo'yash uchun bir qancha lagerni balki chet elliklarga atugun ko'z tutishmi mumkin. U yana shu hozirgi CCTV'ninki o'tirib qo'ygan nima bizga ko'rsatgan bir videoda bo'lgandek, Uyg'urlar xo'shal-xo'ram shu nimada lagerning ichida o'ynayotgan, tans o'ynayotgan, mashinada ishlayotgan yoki boshqa ishlarni qilayotgan degandek. Ammo Xitoy chandırib qo'yadi. 4 tomning ichiga solab insonni xo'shal qilg'izib bo'lmaydi. Hamda tomning ustida tikanlik nimalar bor? Simlar bor. Undan keyin ularni kuzatib turadigan bunda kulaylar bor. Buni ko'rgandan keyin haqiqiy ishlanmaydi. Ammo bularni balki Xitoy atugun ko'z bo'yash uchun bularni imaj jihatdan tuzdidir. Shuni ular kelgan hay'atni aldab-saldab ko'zitib qo'yib yo'lga silish mumkin, ammo men degandek yana shu yoshlarni, bo'y egmaganlarni yanalar uzun muddat so'laydi deb o'ylayman. Agarda bular yana shunday qarshi chiqib chin turib olsa, ularni turmaga tashlaydi. Turmaga tashlagan chaqda hozir qonunlarni oq-oqidan chiqaryapti. Bu qonunninki nima deymiz, qonun bo'lsa-mi, meşru qonun bo'lsa yoki bo'lmasa, Xitoylar shu moddaga qarab bog'lab turib so'laverdi endi. Bu yaqinqi necha yildan beri nurg'un Uyg'urlarni ichiga solyapti. Biz hozir lagerga qarab turib qoldik. Lagerdanmi ko'p so'langan Uyg'urlar bor. Ya'ni buning soni hammasi lager bilan birlikda buning soni 3 millionga boradi. Bu lager masalasi kirsak yana yuragimiz og'riydi. Bunun ichiga ishkirlab kirmayli zodi hamma narsa aniq bu jihatda. Hozir sizning xizmatlari tarafidan chiqarilgan bu javob Xitoyningki bundan keyingi planini bildik deyli hozir strategiya jihatdan.
Biz nima ish qilamiz buni? Biz nima deb javob qaytaramiz? Chunki biz buning oldin xiyolini bilib oldik. Hazır ben dedim, G'arbninki alaytligidan işitish lazım. Ondan bu Amerika bilan Xitoyninki ve kelgusida G'arb bilan Xitoyninki munosabatlaridan foydalanish lazım. Ondan keyin bu Dünya Uyghur Kurultayınınki Birleşken Devletler Teşkilatı'da yoki bu Avrupa Birliği'de ilip beriyotgan faoliyatlarni texmi ko'paytirish lazım. O'tganda yalnızla bir komisyonga müracaat qilib, onun resmiyetlerini to'liqlab aran qiladi. O bo'lsa shu irqiy kamsitishga qarshi chiqish komisyondanki bir faoliyati. Undan boshqa nurg'un yana komisyonlar bor. Misolga mustamlika rayonining xalqini ozod qilish va zaminini qaytarib berish degan. Buni komisyon aldı. Çünkü xalqlika degan narsa tugdi. Mustamlika rayonu tugdi. Ama kona mustamlika rayonlar yanıla bazı devletlerden yani kona hocayından kutlamayvatıdır. Şununla onu mu takip kılıvatıdır. Onda da Uygurlar yani muşu komisyonuna bir doklat sunuş lazım. Şer Türkistan'dan ki bir mustamlika rayon boğanlığını ama ilmi üsluplarla bunu ispat kılış lazım başta. Bunu şendürgenden ki ondan ki biz mustamlika rayonda muşunda Xitayning qilgan zulümla hemmesi muşu mustamlika rayonda ilip beriyotgan siyasetning ki şu naq o'zi deb. Müracaat qilgandan keyin bu komisyon Xitoyni ondan nima başta bir mustaqil bir tadqiqotchini tepib ya da bir ikki qanchasi bo'lsin. Ularni Boş, davom qilaverasizlar. Telefon qilganlar ularni ondan keyin shu ishni shu murojaat qilgan vaqtida yozilgan moddalar talablarga qarab sizlar izdin The Bluetooth device is ready to pair. Ondan keyin bu ilmiy yo'li bilan agarda bir natijada shu iltimos qilgandek talab qilgandek shunday bir ahvol chiqib qolsa undan keyin Xitoyni bu komisyonga chaqirtdi. Shu to'g'rimi deb. Xitoy yana belki inkar qildi, rad qildi, o qildi, bu qildi, ondan keyin yana bir kun tartibga kirdi. Misolga endi. Hatto natija og'ili bo'lmaydigan ba'zi avarchilikma bo'lishi mumkin. Misolga shu 755 da Xitoyda isyon chiqqan chiqdim. O her chiqdimda Uyg'ur davlati bularga yardım qilib bostirib bergan. Ondan keyin bir kilişim vardı. Uygurlar karşılık assasa Xitay şunçilik ipek bir iş lazım bu vaxtdaki kilişim yapardı. Ama ipekni işlep çıkarışının ki tızlığı astı bu başka, atlarını devamlı Xitayga satqaşqa, Xitay Uygurlarga qaz o'qigan. 840'da Uygur devleti yıkılgan vaxtida bir qahan aşını istigendi. Alda pomlapla yolu saldı bir kısım nersini verip ama hazırki Uygurlar deyiş lazım. Şu vaxtıda Xitaylar Uygurlarga qaz bo'lgan. Onunki üsümene hesap qilgan taqdirda nurg'un bir pul meselesi debçi. Gerçi bu tarihteki nersini bugünkü ekilip hesap qilish to'g'ri bo'lmaydi. Xalqarada bir natija ağlı bo'lmaydi. Bo'lib xalqaro mahkamada ağlı bo'lmaydi. Shunda o'smi Xitoyni avar qilib bo'ldi. Ya'ni oturup müjde planlaydigan bo'lsak, nurg'un nimalar var, uslublar var, yöntemler var, vasıtalar var. Muşlarni ishlasa bo'ladi. Xalqaro qonundan yaxshi foydalanish lazım. Bo'libmi bundan keyin shu xalqaro qonundan, Avrupa Birligining qonunidan yoki mandaq adolatli davlat bo'lsa, shu davlatning qonunlaridan misol olib turib, Xitoyning qonuniga qarshi chiqish lazım. Xitoyning qonundagi moddalarninki bir-birisi bilan bo'lgan zidlikni buni pash qilish lazım. Hamda Xitoyninki qonuni moddada yoziqliq ama ijroatda yo'q deganimi birdan voqealar bilan birlikda buni isbot qilib, dalil qilib xalqaroga sunish lazım. Shunga bundan keyin qonunchi Uyg'urlarga bek ehtiyojimiz bo'ladi. Misolga o'tgan kunlarda shu burun chiqargan bir qonuni, Urumchi hukumatining chiqargan qonuni tekrar yanglab chiqdi. Ya'ni shu
radikalizmga karşı bularni terbiyeleş degani bir kanunlaştırgan bo'lgandek bo'ldi hozir matnga qo'ydim. Ammo mushu qonunning qaysi asos qonunning maddasiga tayinib turib yozdi. Onu aniq bermedi. Bunda bir cümle bilan o'tkazyapti. Onu bizning qonunchilar tepib u yerdan urish lozim. Undan kim bu misolga din itiqodiga manda qilamiz, til nimasiga manda qilamiz deydigan maddelar var. Misolga bular Xitoyningki asas qonunun 36. maddega xilaf. Bunu teşhip çıkış lazım. Onundan keyin xalqancha adamlarni tutib lagerga solab, ularninki cinayet delilleri bo'lmay turib ilib akirish bu Xitoyning 37. maddega, nima asas qonunun 37. maddega xilaf. Mushundaq narsalarni ishlab tadqiq qilib o'ttirga chiqarib tashviq qilgan taqdirda xalqarada bir destek ağılı buludu. Yurttaşçılıkны ağılı buludu. Çünkü G'arb devletler kanunga ehmiyet verirdi. Eğer de Xitoyning kanunu muşunda qaylangan bir ahvolda bo'lsa, o vaqtida Uyg'urlarni lagerga ilish olsun, türmege tashlash olsun, yoki psixologik jihatdan, moddiy jihatdan aziyat chektirish olsun, tatbiq olsun, bular hammasi gunohga kirgandi. Bularning bir qismi xalqaro mahkamaga yo'llashga bo'ladi. Misalga hozir nurg'un odamlar da'vatida lager deganning şu 21. asrda Xitoyningki insonligiga qarshi ishlangan bir jinoyat deydi. Undaqda insonligiga qarshi jinoyat degan bu hukm xalqaro mahkamaga arz qila oladigan bir bir modda bu. Misalga bizning qonunchilar ko'p bo'lsa, abaqman degan uslublar bilan nurg'un ishlarni qilib bo'ladi. Bunda qilgan taqdirda ondan keyin Xitoyga bisim jiquludu, köp buludu. Ondan keyin Xitoy tam tortib ba'zi zulmni azaltish mumkin. Ama tamamen yo'qotamda o biraz işkencim yok. Bundan başka bizdeki an'ana ishlab kelgan faaliyetler var. Misalga namoyishlar var, ondan keyin guvoh berish faaliyetler var degandek. Bularni ilib berish lazım ama netice alalaydigan ishlarni qilish lazım bundan keyin. Allah razı olsun. Yani, hoş. Bir qarindoshimiz xil uzun bo'ldi, telefonni saqlatdi. So'zni anglab baqayli, undan keyin sizning so'zni davom qilasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayın Ustaz, assalomu alaykum. Erkin Ekrem aka, shikil olmuş vaqt xayrli olsun. Aleyküm ve selam. Aleyküm selam. Erkin Ekrem aka, men Avustraliyadan Ümit Musabay. Sizden bir qancha ikki savolim bo'ldi. Men yaqinda bir qancha kun oldida bir yozma yozib e'lon qildim. Shuningdek qarashlarimga qarata sizning ko'z qarashingizni bilib boqimba. Birinchisi ham meni yozmadagi qarashimda shu lagerlar masalasi agarda misolga taqiladigan yeriga borsa, ben bunu hem de stratejik krizisni fursatga aylandirish deb qarayman hem de bu krizisni agar biz to'g'ri kontrol qilib, to'g'ri etmengib, xalqaro jamiyat bilan, Arab davlatlari bilan va hatto islom davlatlari Malayziya bilan ta'minancha uyg'unishga boshlaydi. Biz shular bilan yaxshi moslashib, shular bilan qadamni moslashtirib, agar bisim qilib, agar lagerni taqiduq deb qarasak, buning psixologik ta'siri, masalan, Uyg'urlarning bundan keyin Xitoyga bo'lgan qarshilik harakatlari uchun cho'ng bir psixologik g'alaba bo'ldi deb qarayman. Va sizmi burun tilga oldingiz, strategiyada Chingizxonning qo'yimizni boshqalarning yaylosida boqimiz degan hukmi ko'p uchraydimdi. Shuning uchun agarda lagerlarni taqaydigan biz yaxshi qila olsak va xalqaro bisim bilan bo'lib Xitoyning obrazini buzish orqali Xitoy o'zining obraziga va cho'ng bir yo'l strategiyasiga ta'sir etadiga deb qarab, mayli turmalar so'lamda yoki qandaqli shaklda bo'lsin, o'sha Uyg'urlarning vatandagi Sharq Turkistonliklarning biz qutqiza oladiganimizni qutqizib, o'sha lagerlar taqalsa,
Buni endi men Sharq Turkistonning mustaqillik harakatining birinchi qadami deb qarayman endi. Xuddi Chingizxon yaylı başkalarının yaylısı bizning qo'yimizni boqimiz degandek, bu fursatni biz cho'ng tuta olsak, Xitoyning lagerida Sharq Turkistonning askarni yetishtirib chiqa olamiz deb qarayman. Ong jihatdan, psixologiya jihatdan. Sizning mush qarashimga, sizning fikringiz qanday? Bu birinchi savolim. Men başqacha qarayman-da. Bu lagerni kapatishninki, yepitishninki bir qancha ehtimoli, ya'ni bir qancha sababdan bo'lishi mumkin. Misolga, birinchisi, xalqaroniki hozirgi mushu bisimdan tupayli Xitoy ondan keyin tortinib, ondan keyin yepatdi deydi. Ama ben degandek, yepitishni oldida cho'qim bir qismini hamini turmaga tashlaydi. O qonunga bog'lab bilan. İkinci bir xili bo'lsa, mushu Xitoyning ichida, hozir partiyani boshqarayotgan o guruhlarning ichida fikir ayrılıklar bo'lib, hozirgi qilayotgan siyosatninki xato bo'lganligini va Xitoyga hech bir manfaat ekanmaganligini, aksine yomon bo'lganligini agarda tushunib berib, ondan keyin markazdan bir qaror ilib, uni kapatish mumkin, yepitish mumkin. Üçüncü bir xili bo'lsa, mamlakatning ichida bir isyonlar chiqib ketib, oxiri bunu kapatışga mecbur kaldı değilim. Ama üçüncüsünün ihtimali biraz töven ama ben de karayım ama eğer de Xitaylar bulup mu üyüzü siyasetini özgertip şu lagerini yipetken takdirde başka oyunlarını oynaş mümkün. Misalı değil. Şu Jiang Chunshan'dan, Wang Chuan'dan itibaren Jiang Chunshan'ga hazırki Chunchuango'gacha hemmesi hata siyasetine ilip bağdı. Şu aşka biz bu ameldarlarına ceza birimiz. Uygur halkıga bekli ziyan birdi. Biz aslında Uygur halkını mandak söyledik, mandak karattık. Sizler bunundaki dinler, işneverinler, medeniyetinlerine devam kılınlar o bu dep. Eğer de mandak biri siyasetine ilip bardığan olsa, o vaxtada nurgun Uygurlar Xitoyga rahmet etishga boshlaydi. Agarda mamlakatning ichidagi Uyg'urlarningki bir qismi mushundaq rahmet etish, minnatdorlikni bildirish bilan birlikda o'tirib chiqadigan bo'lsa, chet eldagi da'voga ziyon keladi. Shuningga bu oldimizdagi bu lagerni biz bek bir nima qilib oldik, Türkçe'de odaklaşma deymiz, merkezleştirib oldik, fokuslaştırib oldik. Aslında Şarkı Türkistan'da ben degandek naak tutulup, solunup, itilip, öldürgen nurgun adamlar var. Bulara mı köngül bölüş lazım? Yalnızla lager emes endi. Lager'deki meselelerle birlikte iliş lazım. Biz kaçan Xitay'nınki Şarkı Türkistan'da yürütüyotgan şu zulüm siyasetini eğer de tok tutalırsak ya ki onu yokta alırsak o vakti de ondan kim bir baskuş desek oldu. Ondan kim bir tarihi bir burulma yeri ya ki bir vakti devri desek olurdu dep oylayman. Yalnızla lager emes mesele. Biz tekimi kenarek oylaş lazım. Tekimi ötmüşlerini birlikte ilip görüş lazım. Xitay'nınki məqsədlərini yaxşı biliş lazım. O vaxtda da belki bir galibiyet dep hesaplasaq oldu dep oylayman. Rahmet cevabınızga. Şimdi benim ikinci sualım. Biz hem de Avustralya'da şu 25. yıla Avustralya'nın yukarı parlamentida 3 ministerlik bilen birlikte Uygurlar bir yığın boldu. Hem de ministerlikler, Tashqi ishlar ministerligi, Ko'chmanlar ministerligi ve Davlat mudofaa qatnashdi onunla. Bu yerden hem de bazı bir digil bo'lgan narsalarni men desem, bu Xitoyning Amerika'nın Sharqiy Janubiy Osiyodagi zanjirlarining sirtiga ta'sir yetkazish uchun Avustraliyaning yindiki Vanuatu degan bir orol davlatga harbiy bazani tuzdi. Hamda bu Avustraliyada rasmiy davlat bexatarligida bir andish paydo qildi. Shuning uchun hamda Vanuatu bilan hozir Avstraliya qaytadan dialogni boshlashga o'tdi. Hem Avustralya'daki maqatim yig'indan qarasaqmi, bu Uyg'ur masalasini ba'zi bir strategiyachi avstraliyalik tadqiqotchilar qatnashdi.
Şarkı Türkistan meselesini Taşkı İşler Ministerliğinin adamları kişilik hukuk meselesi dep qarasa, bazı bir stratejiyachilar buni rayonning bexatarlik meselesi, O'rta Osiyo ve Vanuatu ve Avustralya'nın bexatarligiga munosabatli degan ba'zi bir qarashlarni o'rtaga qo'ydi hamdi. Endi shundoq bir fursatda men bizning Uyg'urlarning yoki Sharq Turkiston harakatining Sharqi Janubiy Osiyodagi ta'sirining nihoyat ojizligidan astansam shundoq umidsizlandim hamdi. Biz asli Sharqi Janubiy Osiyoda kuchimiz kerakdi. Ve yaqinda Sharqi Janubiy Osiyoda yana bir tashkilot qurilgan bo'ldi. Uning ichida Uyg'urlar bor bo'ldi. Endi shundoq xalqaroliq har qaysi rayonlarga ta'sir ko'rsatayotgan ahvolda sizmi strategiyachi bo'lish sifatingiz bilan buni mendan yaxshi tushunasiz. Barliq tashkilotlar asli bir strategiyada shuning parchalari bo'lib, shuni to'liqlagan asosda harakat qilgan bo'lsa, biz barliq rayonlardagi shu davlatlar va boshqa tadqiqotchilar bilan teng hamkorlik qilib bora olsak yaxshi bo'lardi. Hamda oldimizda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston Milliy Kengashini ochmoqchi bo'lyotdi. Shu kengashdan siz bizning hozir muajiratdagi Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining bir-birisi bilan moslasha oladigan bir strategiya uchun hamkorlik o'rnatadigan bir qurum qurib chiqish uchun har qaysilarning o'rtasida bir dialog boshlandi deb qaramsizmi shu yig'indan keyin? Men buni umid qilaman. Ama hozirgi vaziyatda biroz qiyindek ko'rinyapti. Hozir siz degan bu Avustraliyadagi bu taraqqiyotlar nihoyat muhim bir taraqqiyot. Yani yerlik teşkilatlar şu Uygur meselesini insan hakları meselesinden yükseltip strateji meselesine aylandırış için tırışış lazım. Onundan kim bu Dünya Uygur Kurultayı halkarada onundan kim bunu teşvik kılış lazım. Bundan boğan vaxtıda bizden mesele yalnızla insan haklarının ki şu ramkısı da emez. Şundakla strateji yani nurgun şu Xitay bile takabül turduğun bir meselelerde Uygurma bir güç olup oturup koyuluş lazım. Eğer bu noktaya kelgen çağda bizden ümidimiz tigima çoğun bolu demdi. Tigima emli bolalaydı. Hazır kurultayda açmakçı boğan bu yığında aslında mışındak meselelerini müzakere kılış. Misalga her yerlik teşkilatdakiler kilidi ve özününki köz qaraş fikirler ebesili degen bu köz qaraşlarını oturup koydu. Onundaki onu redlep, onundaki tasnif kılıp, onundaki bunu bir siyasetke aylandırıp, onundaki yerlik teşkilatlarla ve başka teşkilatlarla ortaklaşıp, kaysı işini kim kılıdı, kaysı teşkilat kılıdı, kaysı işini kandak ilip barımız, muşu iş taksimattan ve hemkarlıkça kılış lazım. Bunundaki teşkilatların arasında eğer de hemkarlıkını emelge aşıralırsak, biz gücümüzü bir noktada, gücümüzü yığıncak kılalaydıgan, yadro halığı ekilalaydıgan bir vaziyet peyda olurdu. Eğer de biz şu hemkarlıkını kılamıgan takdirde, teşkilatlar hemisi özünün yoluyla menketip, umumi bir strateji plan bulmagan takdirde, başkaça bir yol gidiyordu. Onundaki teşkilatların arasında ya da teşkilat azasının ki arasındaki bu ciderler mevcut olan gücümüzünü birbirine gajlap, birbirine yokutup yani güçünü yokutudu dep oylayman. Şununla mavu milli kengeş bir kıtım bilerle ebekli degen meselelerini hal kılamaydı. Ama bir kançı kıtım içilgandan keyin o yığında ilingan neticelerini takip edip onun emilleştirgen tırsıntı kançılık bolmadı degendek ilmi yolu bile ilip bağın takdirde bence ümit bağ dep oylayman ama muşu bir kıtım yığın bilerle bir biz kütken arzu kılgan o noktada emelge aşmaydı dep oylayman yani. Ben üçüncü yeni bir soru olayım.
Endi yana şu nemi to'g'riliq bo'libmi Avstraliyaning tashqi siyosatida hozir Avstraliya rayonidagi o'zgarishlarda biroz bearam bir ahvol bo'lyotdi. Chunki Avstraliyaning eng chong iqtisodiy sherigi Xitoy. Avstraliyaning asosan kan boyliqlarini Xitoyda sotadi. Ammo Avstraliyaning dengizni kim hukmronlik qilsa shuning bilan yaqin turadigan bir strategiyasi bor dengiz yo'lini ochiq turish uchun. Shuning uchun eng chong harbiy sherigi Amerika. Shuning uchun Xitoy bilan Amerikaning bu hozirgi munosabatlarni jiriklashishi va Xitoyning harbiy bazalarini qurib zincirdan bilan Avstraliyaning rasmiy bexatarlik bilan eng chong iqtisodiy sherigi ya'ni harbiy sherik bilan iqtisodiy sherigini o'rtasida tanlaydigan bir bearam bir ahvolga tushib qoldi. Shuning uchun ham bu yerda hozir ko'z qarashlar ikkiga bo'linyapti. Ya'ni bexatarlik muhimmi, iqtisod muhimmi degan ketyapti hamda yo'linish, talash tortishlarda. Endi shunday bir fursatda Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Salahiddin so'ray. Dünya Uyg'ur qurultiyining Sharqiy Janubiy Osiyoda bir harakat plani bormi? Ta'siri nima uchun bunday ojiz, bunday muhim rayonda nimalarni qilishni planlayotdi yoki qanday masalan Yaponiya, Tayvan, Avstraliya, Yangi Zelandiya degan davlatlarda o'zining ta'sirini oshirish uchun nimalarni qilmoqchi? Aslında Avustralya, Yeni Zelanda degandek bu Janubiy Asya Tinch Okyanusiga ahamiyat berish lazım. Avustraliyada nurg'un Uyg'ur nüfus var bu yerda. Bundan keyin nurg'un Xitoy nüfusi var. Onda degan chog'da Avustraliya va Yeni Zelanda degandek davlatlar Xitoy bilan bir munosabat bo'ldi. Bundaqchi odam bo'lgandan keyin, nüfus bo'lgandan keyin. Undan keyin bu Avustraliya bu dünyanın siyasi merkezden jirak. Siyasi merkezde yer eğiliş için şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da pek tırışıyordu. Hazır sılı degende xavfsizlik cetten Amerika, iqtisad cetten Xitoy degenden keyin bu Avustralya'nın ki siyaset cette yani diplomasi cette qanday qilish cette bir özgürcanlıq bir ahval var. Misalga Avustralya'nın burunki bir baş minister vardı, Rotherman. O mu Xitaycı bilirdi, Xitaycını Sudek bilirdi. Ama şunun vaxtıda, şu başkuruvatkan vaxtıda mı Xitay bilen münasebetlerini yaxşı kılamagan. Çünkü Avustralya'nın ki azıqı degen mürekkep bir ahval var bir yerde. Yani qanday qilsak boludu deb. Şununla bir sebep muşu, yani Avustralya'da bir faaliyet ilip birişinin ki onay bolmaganlığını demekçimen. İkinciden Avustralya'daki Uygurlarının bir kısmı şu Dünya Uygur Kurultayı'dan jirak. Jirak tuğandan keyin u yerda bir faaliyet elip biriş biraz kıyın boluyordu ama u yerda temsilci bardı. Polat bar u yerda. Ondan keyin Japonya'da İlham var. Muşlar bilan bir aşağıdaki vaziyetlerini küzütüp u yerga qanday qilamiz, qanday qilmaymiz deganlarni şu yig'inlarda planlayapmiz. Agar da Avustraliyada, Yeni Zelandiyada, Tayvanda degandek, Malayziya, Indoneziya degandek yerlarda agar da bir kuch qozongan bo'lsa, shu tarafni bir rayonga aylantirish, ya'ni bir blokka aylantirish. Chunki u yerda shakllangan kuch Xitoyga texmi cho'ng besim bo'ladi. Xitoyningki manfaatini shu sanag'an davlatlar ularga texmi jiqqiroq besim ishiltalaydi. Amerika ve Japonya'nın ki üyede buluşu ve Hindistan belki yerli siyasetinden kıldaktık. Şunda olsun mu Xitay ile dostup bitemeydi. Bunda güçler eğer de üyede şekillengen takdirde Uygur davasında şu Avrupa'da mı güçlü bir ahvalını şekillendireleydi. Ama hazır ben degende kıyıncılıklar var. O kıyıncılıklarını asla eğer de tüzlüyorsak sizlerdek anlık okugan onda adamlarımın şu bir hemkarlıklarını kısa, hemkarlık diyen kelimenin işiltiyordu. Başka bir kelime emas bu. Eğer de kılalısa bu umumi davaga çok bir faydası buludu dep oylayman. Çünkü o rayon sılı degandek mühim bir rayon. Allah razı olsun. Hüseyin Ustaz Erkinkam Kevin Watt'ını tılgayıp kaldı. Şuna münasebetli yeni bir sual soruyu da söhbet etip gitti bu.
Siz erkinka Avustralyan burunqi baş minister Kevin Watt'ni tilga aldınız. Kevin Watt Xitoy için ait yaxshi biladi. O'shaning 2009-yillarda baş minister bo'lgan. Kevin Watt ko'rinishda Xitoy bilan shunday munosabatni yaxshilayman deb tirishgan hamda Xitoyni jiq siyosatchilar g'arb rahbarlari qaraganda yaxshi tushunadigan bir odamdi u. Ama şu Kevin Watt'ın bu Xitoy bilan yumuşak, hatta Beijing olmasa Xitoycha so'zlaydi. Yumuşak siyaset ip bardı desek keyin 2010-yili WikiLeaks'tan Amerika'nın diplomatik kanallarının oshkorlangan materiallara qaraganda 2009-yili Kevin Watt Amerikaga borgan vaqtida Amerika'nın şu vaqtda tashqi ishlar ministri Hillary Clintonga Xitoyga kuch ishlatishning yaxshi vaqti, Amerika hozir Xitoyga kuch ishlatsin degan taklifni sunibdi ki buni WikiLeaks oshkorlab etdi. Keyin Kevin Watt'dan bu savol so'ralgan vaqtida men unda deganimni e'tirofmi qilmayman, inkormi qilmayman dedi. Shuning uchun ya'ni Avstraliyaning Xitoy bilan eng yumshoq til ishlatgan bosh ministrimi Amerikaning Xitoyga qarata kuch ishlatishini tashabbus qilgan ekanda. Shuning uchun hamda bu Avstraliya bilan masalan shu bulutma Xitoy kengayib yaqinga o'tishga boshlaganmi yo'qmi? Bu Avstraliyami harbiy jihatdan tirkishga qarab mangdi. Hamda siz nimaga shu hamda sizning Türkçe desek ön görüşünüzde Avstraliyaning uchun Amerika bilan yaqinlik munosabati iqtisod bilan bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan munosabatidan yuqori kelish ehtimoli bormi siz? Ya'ni Amerikaga eg'ir bisib Xitoyga qarshi buzilish ehtimoli bormi? Hozir bu munosabatlar xilli buzilib ketdi, ham buningdagi yomonlab menishi mumkinmi sizce? Bu Amerika-Xitoy munosabatiga bog'liq. Agarda Xitoy Amerika bilan chiqishib olsa, misol hozirgi krizni yo'qotib olsa, Amerika bilan normal bir davlat munosabatga aylantirgan taqdirda Avstraliya bilan Xitoyning orasidagi munosabat dushmanlikqa aylanmaydi. Agarda Amerika bilan Xitoyningki bu tijoriy urushi, onundan keyin bu iqtisod urushi, onundan keyin boshqa sohalarga agarda yeyilib ketsa bu urush, onundan keyin qaytish, ya'ni keyiniga qadam tashlash qiyin bo'lgan o nuqtaga kelib qolgan taqdirda u vaqtida Avstraliya Amerikaning yonida turdi deb o'ylayman. Onundan keyin bu Amerika tarafdan o'tirib qo'ygan bir proje bor. O Indo-Pasifik hamkorligi degan. Agarda bu qurilib qolsa, misolga, u vaqtida Avstraliya shu iqtisodiy manfaatni shu rayondagilar bilan Hindiston deymiz, Japon deymiz, Indoneziya deymiz, Malayziya, Filippin, Vietnam, Laos degandek, Tayland degandek davlatlar bilan birlikda hamkorlik qila oladi. Buningki agarda Xitoyga mablag' solgan dunyoning eng cho'ng kapitalizmi bir qism mol mulkini, bir qism shirkat va zavodlarni Vietnamga, Malayziya, Indoneziya to'shisa, u vaqtida Avstraliyaningki iqtisod jihatda Xitoyga bo'lgan beqinish, ya'ni tirnoq ichida davatimi beqinishma ojizlaydi. Ya'ni Indo-Pasifik hamkorlik tashkiloti agarda qurilib faoliyatga kirsa, bunday bir ahvol bo'ladi. U vaqtida Xitoy bilan dushmanlik bo'la oladi. Xitoyningki pozitsiyaga bog'liq. Xitoy agarda yana nima deysa degan siyosatni ilib davomli qildigan bo'lsa, yolg'iz Avstraliya emas, nurg'un davlatlar Xitoyga dushman bo'la oladi. Hozir mesele biz aşında bir vaziyat şekillengen çağda tayyormi biz. Benim ensirişim bir yerde. Dünya muş aldığımızdaki 20 yılda cık nesle özgürdü. Xitoy desep koygan çamdamını, yani kademini akıga kaytamaydıgan bir noktaya kelgen çağda Xitoyning işi çatak olurdu. Çünkü onu özgertiş ve kıyım olurdu. Xitoy bir cho'ng kiyime burunligan vaqtida boshqa o'ngga so'lga burilganda bek vaqt ketadi, bek qiyin bo'ladi. Shuningga Xitoyningki o'zgarishi 1 yil, 2 yilda o'zgargil bo'lmaydi, ammo xalqaro vaziyat 1-2 yilning ichida chaqan o'zgaradi. Shuningga oldimizdagi 20 yilning ichida dunyoning nurg'un
devletlerinki çigrası, nurgun demey de bir kısım devletlerinki çigrası özgürüdü. Bazı devletler çuguludu, bazı devletler kuruluş mümkün. Bunda bir peyte Xitay'nın ki içki meselesi, iktisadi meselesi ve bu Tibet, Mongol, Uygur meselesi degende bu meseleler Amerika ile boğan koşun devletleri boğan bu ihtilaflar Xitay'ını bir bulunga sıkıştırılgan gibi. Bu vaxtda Xitay'nın ki her kanda bir siyaseti belki Xitay'a ziyan birdi. Çünkü keyniki qaytamaydigan bir noktada kelgen derdi başlarında dedim. Hem de muşunda boğan vaxtda Xitay'ın ki merkez hakimiyeti acizlap ülke hakimiyeti güçlündüğün devir başlaş mümkün. O vaxtda Şərq Türkistan'da hazırki bu Çimçengoma ülke seviyede yanıla aşı Şərq Türkistan'da başvurup geçsin için. Misalga da ahvallama bak. Biz hem şu ihtimallara hemisiga tayyor buluş lazım. Bir qancha nima deymiz buni senaryo deymiz bu. A, B, C degan ABC deb ABC deb bunda bir 3 nimani sizish lazım yo'lni. Ma o'qasi manda qilamiz, A o'qasi manda qilamiz, ma o'q. Ama üçüncüsüge adamlarımızı tayyor qilish lazım. Hem de biz demektekiler bunu 20 yıldan ki ben bağımı yok mu bilmeyim hem de. Belki göremeyim ama bizden kinki yaşla bunu emelleştiriş lazım. Ama bunun da kinki yaşla bunu emelleştiriş için hazırdan başlayıp şu çoğunlarının kılıp tayyor koygan o seviyede, o asasta hareket kılış lazım. Ondan da yaxşı çıkışıp bu meseleni biz hal kılış lazım. Eğer hal kılamazsak biz mi İsa Bek ve Mehmet Emin Buğra bendilerinin kılgan işlerini biz mi tekrarlayan eminim? 20-30 yıl evvel. Hazırki yaşlar eğer yanı tekrarlasa o vaxtda davanın ki ilgirleşte biraz kıyın bu kaldı. O kelgen bir fırsatını kaçırıp koymuşsun ki de ben şundan ensiravatım. İnşallah kaçırıp koymasımız hem sılmış 20 İnşallah. yıl emas bir 40 yıl ömür bersin yani inşallah Allah sizlarga. Amin. Bu günni ko'ramiz. İnşallah. Rahmat Ümit ma'lum Avstraliyadan qaytilganligingiz uchun siz ko'p rahmat. Agar boshqa bir so'zingiz bo'lmasa telefonni taqayman. Sizlarga rahmat. Erkinga vaqtingizni olib qo'ydim, javoblaringizga rahmat. İnşallah. Yo, arzumaydi. Hoş buldum ben. Rahmat. İnşallah yoshlarni men chiqadi deb qarayman. İnşallah yoshlarni bu davani qo'liga ilishga chiqadi deb qarayman. İnşallah sizlarning shu hozirgi cho'ng tashkilot davani etmayotgan akalarımızdan oldidagi yana bir majburiyat shu tashkilotlar hamkorlashib ish qiladigan bir qurilmani tayyor qilsanglar inshaalloh shu masala hal bo'lib ketsa bu ish texmi yeniklab texmi istikmoldi deb qarayman. Ham yoshlarni balkim ko'ryapti programmalarni yoshlarni o'zini tayyorlayapti deb qarayman. İnşallah yoshlarni izinlardan chiqadi deb qarayman. Rahmat shukronlarga. İnşallah. Yaşlama şu çoğunlar müşla birleşsin deb bilgi sanıcısı buludu hem de. Bo'ldi, rahmat. Birinchisini Arzumaydi, ben rahmet deydim. rahmat. Birinchisini Ümit ma'lum yavaş asta sancıdı bugün. İnşallah bilgi sancısı mı getmez. Yani eğer haqdar çoğunla bo'lib qolsa oldimizda bo'ldi haqdarlar, ammo haqsizlar mı bo'ldi? Aqnanchilar mı bo'ldi? Milletni sitib o'zining shaxsiy davosiga aylantirgan cho'nglar mı bo'ldi? Ama xalqning ko'zi bugun ko'rib o'tadi. Men uning uchun bugun harakatning strategiyalik yo'linishini kim belgilaydi degan bu savolni ikkilangi yo'g'on qilib yozib qo'ygandim. Bu Ümit ma'lum naq shu savolni so'radi. Ya'ni bu strategiyani kim belgilaydi masalasida hozirgacha xalqimiz mush savolning o'ziga javob topolmayapmiz. Ya'ni kim belgilaydi? Kim bizga yo'l boshlab mangadi? Ya'ni hozir kim gap qilsa shuning keyindan ketadigan mandaq ajoyib jahilona bir yo'lni izlayapti xalqimiz. Ya'ni bu shaklda ketyapti. Kim gap qilsa shuning keyindan. Ammo kim strategiychi, kim olim, kim haqiqatchi, kim
bu yo'lda tevrenmey menayotgan haqiqiy da'vatchi, kim aqil, bununla diqqat qilinmayotdi. Gapga bekrak diqqat qilyotdi. Chunki xalq hemen hissiyatning keyindan mangdi deganga o'xshash. Shu hissiyatning keyindan jiq ayishib ketyapmiz. Shu musavolni sizga qayta so'rayman. Bu hozir vaqtimiz 10 minut vaqtimiz qoldi. Bu davaning strategiya yo'linishini belgilaydiganlar kim? Dünya Uyg'ur Qurultayimi, SIL'mi yoki boshqa bir kishimi yoki bugungi akademiyada xizmat qilayotgan siyosiy ya'ni akademik insonlarmi yoki xalqning oldidagi siyosiylarmi? Zodi kim bizga haqiqiy bir bu yo'lni ko'rsatib qo'ydi degan savolga sizdan yana bir javob olay. Chet elda nurg'un tashkilotlar bor. Hamma tashkilotlarninki shunday strategiya plan qo'yishninki haqqi bor, chunki ular hammasi Sharq Turkistonlik. Ammo lekin ishni shu talantliq sarxil insonlar planlaydi buni. Shunga boshqa tashkilotlarning davatımında hammasininki shu sarxillar bir yerga kelib o'rtaq bir strategiya planni o'tirib qo'yish lozim. Ve bu ortak koygaçka hemimiz bu ortak nişanga hareket ötüş için strateji planımı ortak buluş lazım. Ama teşkilatlar dedi ki menimki şaraitim maaşını kırıl olmaydı, ağaçını kırıl oldu. Yani bir teşkilat dedi ben mağını kılalayım, ağını kılamayım. Ondakta misalga şu Dünya Uygur Kurultayı Garp dünyasında yaxşı işlerini ilip baralaydı. Yani önümlük işlerini. Misalga Marif Cemiyeti İslam dünyasından yaxşı ilip baralaydı. Bular bir-birini toluqlaydigan teşkilat. Ondakta faaliyet cetten yani siyaset ve politika cetten ayrı vasıtalar, ayrı yolda mangılı buludu. Öz aldığı müstakil şekilde mangılı buldu. Ama bu yollar hemisi umumi stratejinin ki parçaları buluş lazım. Eğer de umumi stratejinin ki sırtı doğup kalsa bu mangan yollar önümsüz buludu. Bir adam ömrünü bika tükütüdü şu hata yollarda tolu menip, eğer toğay yollarda. Şununla bu stratejini kim belgileydi degende teşkilatlar arasında sarxilla bir yerga kelib, sarxil deganim ham anliq adamlar, çünkü bir yerga kelgan chaqda bir-birini tushunadi deb demoqchiman. Hali g'araz bilmaydiganlar bir yerga kelib olsa, o ishni buzadi. Shuningga men shuni o'ylab qilgandan keyin bir narsani planladim. Misalga Kıbrıs'ta, Berlin'de ve Brüksel'de bu 3 qitim strateji yig'in qildi. Bunun maqsadi hozir men degandekdi. Yani teşkilatların arasındaki sarxillar bir yerga kelib, umumiy davaninki planını, strateji planını oturup koyuyor. Onundaki hemimiz politika cihette özümüzdeki vazifesini icra kısa. Bazı yer kelgan chaqda hamkorlik kısa, bazı yer kelgan chaqda öz aldığımızga hareket kısa. Onundan keyin yo'l qisqaraydi. Mevcut sahip bo'lgan kuchni yaxshi yerga, ya'ni nuqtaliq yerga ishlatalaymiz. U vaqtida energiya isrof bo'lmaydi, moliy pul chetdan isrof bo'lmaydi, umrimizmi isrof bo'lmaydi. Shunda bir qisqa yo'ldan mengish. Bu bir ilm endi. Eğerde shunda bir unumlik bir tarafi bo'lmagan bo'lsa, buni ilim demaymiz. İlim çokum bir fonksiyası buluş lazım. Fonksiyası bo'lmagan ilimler hemsi boş. Bugün körüngende xuddi bir ishga yaragandek bir gap söz, nazariya bo'lgan bilan, mantiqlilik narsa bo'lgan bilan, amaliy jihatda uning qarshiligi bo'lmagan holda buningki hech bir ahamiyati bo'lmaydi. Yolg'izla vaqt oladi ve ömrümüz israf bo'ladi, energiyamiz israf bo'ladi. Yani xo'sh, sizninki strategiya yig'inga 3 qitimliq. Oxirgi yig'inga men qatnashdim va nurg'un narsalarni shu yerda o'rgangan bo'ldim. İnşallah bütün teşkilatlar ve bu yig'in qatnashuvchilar bundan keyin texmi bu masalaga jiddiy qaraydi deb o'ylayman. Bu inşallah. Bu teori, nazariy ve prinsipal funksiyalik jihatda menimcha sizning bu qilayotgan xizmatlari to'g'ri bir şekilde ketyapti, davom qilyapti deb o'ylayman, ama umumiy xalqchil ve açık bo'lgan, yani ochiq bo'lgan mundaq tashviqot so'rinlardimi xalqqa bir
strategiya yo'lini, ya'ni deyishga tegishli bo'lgan strategiya yo'lini ko'rsatib berishlarini umid qilamanki, mush oxirgi savolim. Ben şu misal Amerika'da bolsun. Bazı milli stratejisi bazı 4 yılda bir, bazıları 1 yılda bir mesela çıkırdı. Bulup mu 4 yılda bir çıkırdıgan milli xavfsizlik stratejisi buludu. Bu şu hükümetin ki strateji yolunu sizbegen buludu. Aş yolda mangdandı. Aş yolga xilaf bolup kalgan çağda meclisten, adalet sisteminden, başka yerden misalga medyada ve şu think tank organlardan tenkit edildi. Şununla dikkat kıldı. Onundan ayrılmaydı. Ama bu bizim şunda kılaylı diyen. Bazı dostlar bir nimine agalandırdı. Dedi o çoğun devletler korkmayı onu diyereydi. Ama bizdekiler kurgan strateji planlarını bulup mu inç planlarını aşkar kılışının ki xatarligi bor edi. Misol Xitoy bilib olsa oldi to'raydi. Senin planını bozuşqa tirishdi misol, değil mi? Şununla hammasini emas, shu stratejiyaningki ro'yini yoki hammasini emas, nuqtaliq narsani tushuntirib bersa bo'ladi. Vaqti kelgan chog'da asta e'lon qilsaqmi bo'ladi degashga men turib qoldim endi. E'lon qilinmadi endi. Kelgüsünde bağan sırı güçlensek, onunla korkmayı ilan kılalaydıgan bir noktada kelsek ilan kılımız. Halkımız bile ortaklaşış bu bir mecburiyet halkımızın ki talebi bu. Çünkü negi iteklep minvatsa da soruyalaydı o halk. Ama bazen bu işini kılıçta bir uslupka mecbur kaldık yalnız. O sebepten tüpeyli müştak olup kaldı. Onu ben hürmet kılım, onu ben bir narsa diyemeyim hazır. Mesela o stratejivi ve hatta bazı məxfi yığınlar oldu, tekliflik yığınlar oldu, sırtqı işletilmegen məxfi planlar oldu mesela. O cəhətdə mənim açıqandaq fikrim yox, amma xalqı oçuq bolğan məsələlərdə biraz oçuqraq şəkildə xalqım, çünki biz nurgun nərsəyə əsli cavab tapanmay ekanmiz. Məsələn, bir misal alay, axırqı sualım bolsun şu. Danqaqda bu 20 çisla bir namoyish oldu. Xitoy bu Chinchuango degan Xitoy keldi Gollandiyaga. Bu yerda namoyish qildik. Bizni jiroqqa 200 metr jiroqlik to'xtatib qo'ydi, ammo Xitoy o'zining odamlarini Chinchuangoni qarshi olib chiqqanlarni 20 metr jiroqlik o'rlashtirdi. Ular qarshi oldi, biz 200 metr jiroqlikda to'ldiq. Tibetlar, Falun Gongchilar va boshqa tashkilotlar. Faqat 20-30 yıldan beri qilib kelayotgan bu namoyish o kunmi o'xshash va oddiy va normal shaklda davom qildi ketdik. Natija e'tibori bilan bir natija bordek emas hamda ko'rinishda. Bunda ochiqlam o'ylasak. Ammo u yerda bir qancha qarindishimiz bilan maslahatlashdik gündem kelayli, ya'ni naq bir ish qilayli, muxbirlar kelsin. Saqchilar tutamdı, qanday qildi, u boshqa bir masala. Bir buya kelib namoyish qilganning bir natijasini olayli. Farqchilik yaratayli deb maslahat qildik, ammo nurg'un qarindoshlar maslahatimiz, ya'ni bir qancha xil fikrlar o'tirib chiqdi. Masalan, 200 metrdan jiroqlikdan Chinchuango boyaga yaqin berish jarayonida saqchi to'saydi. Uni bo'sab o'tash degandek, mushundaq bir masalalamdi, u bir vosita. Bu qandaq qilganda gündemge, yani bu ne qiziq nuqtaga kelayimiz, bizning hozirgi faoliyatlarimizda qiziq nuqtaga kelish faqat yo'q, asosan ko'rilmayapti. Imzo aytyapmiz, guvohlik beryapmiz, siyosiy faoliyatlar qilinyapti, ammo dunyo qiziq nuqtasiga tushadigan, sen BBC'ning o'tirg'i portlab tushadigan bir narsalar bizga foydaliqmi va bunday kelalamdiq degan bu narsaga bir umumiy xalqchil bir şekilde cevap verişlerini umut qildim. Bu namoyish qilish o'ng'ay emas. Misol siz degandek, bunala qoidaga qarab agarda namoyish qilgan bo'lsak, bundaq kun tartibga kelgili bo'lmaydi ekan. Agarda u yerda bir jidal chiqarsak, saqchi tutadi, o vaqtida Uyg'ur tashkilotlarga va Uyg'urlarga bir manfiy bir
көз қараш болып қалады. Мысалға Түркияда 2016 бірінші айының бірінші күнінде болған bu vaqada bo'lgandek. Ajna bir vaqadalar bizni Uyg'urlarni mishna nima nomini, obrazini buzib qo'ydi. Yag'an bo'lsin. Shuningga bu yerda hamda shu apayslar muzokara qildik dedi deysizlar. Ashada naydi uslub bir uslubni tepish, ya'ni saqchininki kontrol qilishi bilan bizninki kun tartibga kelishi ikki nishonning orasındagi bir narsani tepib chiqish degandek. Bir ishni qilish. Hozir aqlimda yo'q. Mening misol bera oladigan misolga g'alati bir nima pankartni nima deydik, lavha. U yerda mana boshqa bir resim qo'yish. Misolga Xi Jinping nima Hitlerga o'xshatib sizish, ayolini boshqa birisiga sizish. Xi Jinpingning e'tiborini zedeleştirish. Zedelegan vaqtida Xi Jinpingning partiyaning ichidagi raqibimi mushundan foydalanib, ondan keyin Xi Jinpingni urib selishning kimi ehtimoli bo'ladi, misol, değil yoki o'tgandagi namoyishda shu yuziga maska taqib, ondan keyin Xitoyning qo'li bilan og'zini to'rgan shu resim hamma yerda shiltiyotadi. Chunki u noyatalik dikkat çekicida, dikkat tatqan bir resim, nima bir yuz maske. Aslında o'xshash shunday medianingki ko'zini tortalaydigan, o'ziga chekalaydigan, tortalaydigan shunday bir lavha bo'lamdi, kiyim bo'lamdi yoki shunday bir maske bo'lamdi. Shunaqlarni bir o'ylab qilish lozim deb o'ylayman. Buningga bir yaratıcılık degan bir narsaga ehtiyojimiz var. Nurg'un shu xalqninki qilgan namoyishlardan, misol boshqa davlatlarninki qilgan g'alb qozongan shunday bir namoyishlarni bir tadqiq qilish lozim. Ularning videolarini qarash lozim. Bir yeng narsalarni tepish lozim. Qanchalik yangi bo'lsa, media shunchalik qiziqadi. Agarda qanchalik ko'ni bo'lsa, mediami qiziqmaydi hamda uningga. Mening deyaladigan mashinchilik aslında bu ishlar faoliyatchilarninki ishida hamda siyosiyon, ya'ni faoliyatni ilib borganlarninki o'ylab qilgan ish hamda. Allah razı olsun, ko'p rahmat. Allah sizlardan razı olsun. Bir qancha masalalar bor edi. Buni yana bir qatimliq suhbatimizga qo'yib qo'yaylik. Sizning oxirgi so'zlari bo'lsa qarindoshlarımızga buni olsam. Men yana shu meni anlaganlarga ko'p rahmat aytaman. Yanala o'xshash agarda men biroz bir bilim beradigan bo'lsam, biroz ilhom beradigan bo'lsam, ashuninglar men nihoyat xursand bo'laman. Ularga ko'p rahmat. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Allah sizdan razı olsun. Qarindoshlarımızdan ko'p salomı bor. Aleyküm selam. Mendanmi ko'p selam. O'zlariga men 40 yosh tilisam, qarindoshlar bu azob qoldi 100 yosh kirib ketgan bo'lsa, Ikrom akamiz deydi, men baq qirtib o'tmaydi deb o'yladim sizni. Hamma narsa normal bo'ldi. Ko'p rahmat ularninki yaxshi niyati uchun, ama bilamaymiz endi. İnşallah dualarımız her zaman sizlar bilan birga. İnşallah. Şu sizlarning duo bilan shundaq o'rturyapmiz, shundaq ilm o'rganyapmiz. Sizlarninki duolaringlar bo'lmasa, meni yaxshi ko'rganlarninki duolari bo'lmasa, bunchalik ilm va bunchalik bir turmushga erishamakdik. Ularning duolariga, duo qilganlarga ko'p rahmat. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Rahmat o'zlariga her zaman duo qilamiz. Rahmat aytaman. Biz xizmat qilayotganlarni ko'zimiz ko'radigan, ko'zimiz ochiq insonlar. To'g'ri, xalqimizning ko'zi ochiq, to'g'ri. Ama ular biroz sessiz. Vaqt soat kelgan chog'da ular sessiz turmaydi. Men uni bilaman. Buningga mishada bir gapni qaytib qo'ysak, xalqimiz bu mustamlikaning asoridan shundoq bir psixologiyaga ega bo'lib qoldimi, qanday bilmayman. Bu sessizlik masalasi umumyuzlik bizda bo'layotgan bir salbiylik demdik, nima deymiz, yoki kamchilik demdik. Masalan, biz bu yak e'lon qo'ydik. E'lonni 6 nafar qarindishimiz ham berilibdi masalan. Amaliyotda menda 5000 dona odam bor. 5000 odamdan 6 nafar qarindishimiz. Bu qandaq bir psixologiyaga ega bo'lib qoldik va desteklash, qo'llash
Aslında bir tal konupki besish meselesi bu aslında. Rahbarlarimizni ularga bir altınımız bo'lmasa bir kumush, ya'ni oltin so'zing bo'lmasa oltinning bam deydigan bir gaplar bo'ldigan. Buğdayning bo'lmasa buğday gibing bo'ladi. Buğday uni unutib qoldik. Mushundaq bir qo'llash demoqchi-ku hamda yig'ib aytgan vaqtda mushundaq masalalarda biroz to'van bo'layotganligini his qilyapman. İnşallah bundan keyin taqim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Alloh xolisa bu psixologlarimiz inşallah yaxshi bo'lib ketadi. Mukofotlash, jazolash tuzumlarimiz inşallah barpo bo'ladi deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga yana bir qatimliq programmada ko'rishguncha omon bo'lsizlar. Allohga topshirdim. Aziz qarindoshlar, Allohim oldi rozi bo'lsin. Bizning haftalik muhim xabarlar programmamizningki mehmoni bo'lgan Doktor Erkin Akrem efendim bilan xabar va mulohiza ilib bordik. Tövende Parat Yorunqash efendim bilan biz suhbatimizni davom qilamiz. Yani bu aldığımızda kelayotgan bu namoyish masalalari ve bu Milliy Kengash, Sharq Turkiston Milliy Kengashi degan masalalar ustida Parat Yorunqash efendim bilan suhbatimiz davom qiladi. Bizni destekleyen, to'xtamay gul bergan, qo'llash bergan, undan boshqa duo qilgan bütün qarindoshlarga Allohning rahmati bo'lsin deyman. Parat efendim, sizga telefon ulanmayotdi. Qanday bo'ldi bilmadim. Men yana bir qatim sinab boqay. İnşallah ulanib qolar. Telefon ulang'ich oraliqda yana bir qarindishimiz bilan suhbatda bo'laylik bir 10 minut. Bu qarindoshlarimiz bugun Turkiyada fidoilar atriti nomida nurg'un yaxshi ishlarni qilyotdi. Men bugun bo'lib bir videosini ko'rib nihoyatda xush bo'ldim. Buni qarindoshlarga avval bir qo'yib, undan keyin bu qarindishimizga naq maydondan telefon qilib bir bu xizmat qanday ketyotdi? Bizning ishkironimiz orqali xalqimiz bilan yuzlashsa deb o'ylayman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz fidoi guruhdagi bolalar kuniga bir usul topshirib olgan shu bir oydan 4 qarindishimizning bir oydan beri mana shu sizlar ko'rgan mashinada yetayotganligini men tez kunda kechayotganligini anglab biz Rossiyaga o'qib boqaylik deb kelgandik. Haqiqatan shunday ekan ahvol. Bular bir oyda 4 kishi ekan. Dadası var ekan, nayet aciz, keselchan. Anandan bir akisi var ekan, sel nervus acizken o balıqı burun vatanlık çağıtı siyasi dep turmada yetip çıkan dike aşta bop taptı hamda. Aşağıda bek uruyup başta qilib qo'ydim uqmadık. Anandan bir kichik inisi var ekan, işlemeydiken, dadası qaraydiken. Şuna bilan mush birlar qarindishimiz ishlaydigan kasbi var ekan, kuchli kasbi. Necha vaqtdan ish izlabdi, ish topolmabdi faqat. Yomon tez kunda qopdi. Shunga biz fidoilar guruhidagi boshqa do'stlar bilan yig'ish qilish orqali ozroq pul to'pladik. Lekin bu pul yetarli emas. Biz bularga bir uy kiralab, bir qancha oylik uyning kirasini, anandagi uyga bir ashyo bir narsani olmoqchi, anandagi ma do'stimizga ish izlayapmiz. Shunga barliq qarindoshlarimizning bu ishlarga bir yordam qilishni umid qilaman. Bular hozir bir oy bo'lib shu ko'chada yetayotganlar shu eski mashinada. Rahmat. İçini tartman içini. Mayalım o. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hazır ben sözünü sizlerge berme 1 minut. Assalamu aleyküm qarindoshlar. To'xti hozir ekrandı bu yoki ma? Bolalar kuniga bir usul topshirib olgan shu bir oydan 4 qarindishimizning bir oydan beri mana shu sizlar ko'rgan mashinada yetayotganligini men tez kunda kechayotganligini anglab biz Rossiyaga o'qib boqaylik deb kelgandik. Haqiqatan shunday ekan ahvol. Bular bir Aziz qarindoshlar, yuqorida qarindishimizningki videosini ko'rib o'tgan bo'ldinglar. Men naq maydondan bu qarindishimizga bir telefon qilib bu
bo'layotgan xizmatlar masalasi de bu qarindishimiz bilan. Va alaykum assalom, naq maydondan telefon qilyapman. Bugun sizning o videoni ko'rib nihoyat xursand bo'ldik. Rahmat. Bu qiyinchiliklar qanday bo'ldi? Va sizlarningki o'tganki bu imzo to'plash masalasi o masala bo'ldi. Ularni ko'rib turdik, nihoyat sizlardek yoshlarimizningki qarindoshlarimizga bir destek bo'lash, qo'llash yuzidan faqat bug'doyning bo'lmas, bug'doy so'zing yo'qmi deb bir naq maydonda olsun bir telefon qilib ahvolinglarni so'rab qo'llash yuzidan bir nimani xalqimiz bilan ishtirok deb o'yladim. Sizning ismingizni so'rasam bo'lamdi? Oldi bilan. İsmim Yusuf. Alloh rozi bo'lsin Yusufjon. Qanday xizmatingiz qanday yaxshi ketyapti? Xizmat yaxshi ketyapti efendim. Bak aramızda bak isl adamlar var ekan, bak yaxshi adamlar var ekan. Ay yardım deb boshlar shu iyani qildigan shunday isl adamlarimiz var ekan, ammo ajoyib insonlarimiz varki, o'zining yanchiqidan chiqmagan bo'lsa-mu, ash yardım qilayotgan ishimizga to'sqinlik qilib, kendimizni tillaydigan, gap so'z qildigan, ishlarimiz to'sqinligan odamlar bak chiqqan. Men necha qatim tishimni tishlab bo'ldi bunday ishni qilmayman deb etdim, lekin o'zimga men to'xtag'ina bu vatanni bo'layotgan ishni ufqat bo'lsa, birdamchilik haqninki dushmani usul deb o'ynab ketmaydi. Chidagan og'ir chiday deb qolibdim efendim. Allah razı olsun. Endi bu xizmatdan bu shundoq shu tildashnam ishitib, shundoq basatlik qilib degandek shundoq davom qildigan ishkan. Uning ko'p sabr qilishlarini tilayman. Yaxshi insonlarmi intayin ko'p, nacharlarim ko'p bo'ladi ekan bu insonchilikda. Sizlar shu ishni xo'sh. Bu tövbe bu boshqalarga yordam qildigan yaxshi. Bu mush ishlami mush to'sqinlik qilyapti-mi? Mush ishlarni to'sqinlik qilyapti qarang. Qaysi to'sqinlik qilyapti deyinqirabdan chunki nurg'un qarindoshlar bilmasligi mumkin. Mush bugungi faoliyatimizga ash balni ash talada qilib qolgan rost. Buni 3-4 guvoh 3-4 bola birga bordi. Ko'ydi. Dernekni odamdan berib ko'ydi. Masalan. Ko'ydi shunday-ku. Ba'zilar mush ishqa to'sqinlik qilib, dushmanlik qilyapti-da. Men u balni tunimi u balga anda qildigan bola. U balga burmanda qildigan bola. Hey, u bal buru nima qilsa meni nima qarim? A balni asha talada qolgan rost. Dadisi 3 o'g'il. Talada qolgan rost, Uyg'ur ekanlik rost. Buni nima qilishni qarim yo'q. Men naqshni qilamiz, an talada yashayotgan rost-ku. Anda bo'lgandan keyin Allohga yordam qilamiz. Bu buni nima qilgan bo'lsin, tuzatmas bo'ldi. Tuzatmas u yuzning ishi. Shunday yaxshi ish bo'ldi. Bu qitim qilgan faoliyating nima bo'ldi endi bugungi faoliyatinglar? Vahşi kayfiyatim, bak nacharlashtirib kayfiyatim, ishimiz siqibdi, o'ylab baqsam, dushmanlar işte aramızda quloqsiz salgan şöyle ishlarimizni nima qilmas ekan deb buni uqmadim. Bak murakkab ishgan uchun men bu ishni endi boshlashqa biz bu ishni amatga jiqdan uqmasligi mumkin. Lekin men tas qoldim, necha qatam shu voz kechib bo'ldi bunday ishni qilmayman deb. Lekin yana shu do'stlarimning madad berishi bilan yana eslim kelib oldim. Vahşi kayfiyatim yaxshi emas hozir. Bak adam ishini siqadigan bak murakkab ishlar olib ketib boradi. Bu o'zimizga qarinishga yordam qildi desak, buning nimishqa bir xilqa ana yordam qilma degandek shu. Bizga to'sqinlik qilish urinadi ba'zilar. Shu bugungi bo'lg'ashda bir abolni bir ikki do'stimizni uyga o'rlashtirdik. Dadasi bilan yilqi inisda uyga o'rlashtirdik. Yilqi nervus ajiz akasi bilan abolini bir uyga o'rlashtirib turdik bugun. Ata bir uy qushib qo'ygan to'q oylig'i 900 liradan butkul eşyalar to'liq bir uy qushdik. Uyning ikkisini to'lab bir shundan bu tamam bo'ldi. Hozir to'plangan pul faqat mening do'stimdan juma, mening do'stlarimdan 2 ming lira men oldim. 1000 lirani shu Sayfa ko'yda bir akamiz chiqargan bo'ldi. 3 ming lira hozir ularning uy ish bitdi.
Bu balınki bunu neymiş qilgan bo'lsa, bo'pti, xatolashgan bo'lsa, o'ynab yurgan neymiş qilib tushunsa. Balaning bir og'riqchan dadisi, bir nervus ojiz akisi bor. O bala bayağı bir maykilik ketib bordi ekanimiz tugul balki nervus ojiz bala. Bu balaning kiyimi yo'qmi? Bize yo'q dedi. Hadi bu kiyimni mo epirmez, nurg'un yaxshi demlab ekan aramizda qarang. Nurg'un yaxshi demlab ekan degan gaplar degan qilib ketib bordi. Voy men kiyim beray, voy men eşya qilib beray. Voy men hech qilmasam deb birisi $50 avatkizibdi. Afgan mushni olsun deb qo'llanlamoq yordamim deb. Yevropada, UAP'dan açaş apaşla telefon qilib shunda balki shunda xo'sh bo'lib qoldim. Lekin müştiyada biz Təcəl efendim müştiyada biz to'sqinlik uchun ketibmiz. Men üstümüz Fidai grup düşmanlık uchun ketibmiz. Muş işte biz akımız var. O akımız hizmetini işte o'qishib qo'ydim dedi. Hizmet işimi bitdi. Endi hozir qilgan bu bala bir 2-3 ay shu biz shu tepaga yerda ishlab baqsin. Ras ishlayalmdi o. İşləyəlsə, onun ilk turmuşlarını yaxşı o'rlashtirib bersak bo'ldi. İşləyənməsə, hech bo'lmasa shu bichara shu miyib shu aciz dadasi bilan shu nervus aciz akisi uchun bo'lsin qilgan yordamimiz bo'lib qoldi. Hech bo'lmasa hozir bu bir uyga kirsin, o mashinada bu insonlikni ketgan bir ish u. O vatanga yetib oshqini bizga yetib osha. Tecel efendim, vatanlik zulüm yetib bizga kanka yetib osha vatanlik zulüm. Bu biz bu yerda olsaqmi bir unda taladi qolmaylik, qarindoshlarimizni tashlab etmaylik. Allah razı olsun, rahmet. Bunun jiq sabr qiling. Bunda ishlar ancha-muncha unda qarshilik qildiganlar va boshqa fikrdagilar bo'ladi. Onun shu cho'qim sabr qilish lozim bo'ladi. Rahmat sizga yana bu to'g'risida men yana davomli sizlarni ta'qib qilaman, yana qilayotgan xizmatinglarni qilib turamiz. Oxirida bir og'iz gapim qolay efendim. Chunki nima iman qilgancha shu ko'rib turdi buni. Hozir bolaniki yatakning ishi va turgan o'yin ishlari asosan fikr zo'qshindaqmi? Endi hozircha shu uyabyadan kelgan iyonlar bordi, o iyonlarni to'xtattirmoqchi biz. Bu iyonlarni to'xtattiramiz nemishqa men buningki fidoyi bolalarni chiqib uy kirib kimning qiyinchiligi bor o'z ko'zim bilan nima ish qildi, nima lozim, shularni nima qilib anandan keyin biz qiyinchilik bolaga naqmadan video qilib xalqimiz ko'rsataylik. Va İstanbuldan nurg'un nurg'un atachalar efendim nurg'un qiyinchilik bor odamlar bor. Shunda namarat, to'qso'pi bak tez kun ko'rayotgan odamlar bor ekan. Men bugun his qildimki, bu İstanbuldan nurg'un odamlarning ehtiyoji bor ekan iqtisodga. Hech bo'lmasa biz iyon to'plab ular birnas aprelil qiladigan ishga tushib birnas qilib beraylik. U shuni qilib janda uyini boqsin. O pulni bermaylik qo'liga. Biz bir ish qilib beraylik, ya birnas aprelil Ünlü olsa şu ünlü çıkıp bir iş kıpırayla ya duka iş kıpırayla. Açtaklayla bulmasa bu namaratlık tükürmeydi iken. Allah razı olsun. Çıkıp küçük olan kapılma. Ya hiç kısı yok. Siz bir muhbir buluşunuz tutulan Avrupa'daki karındaşlarımız olsun, Türkiye'deki karındaşlarımız, dünyanın her kaçyadaki karındaşlarımız qattiq Türkiye'ye tükkül bir qattiq bir dikkat qilib qo'ysa o'g'dek ma bir acayip zil ishlar bo'ladi shu yerda. Dikkat qilib qo'yinglar. Masalan qandaq zil ish yana bir misol beralmisiz? Masalan biz bu yerda ma ishni boshladik-ku masalan. Biz fidoylar, biz hech qanday bir tashkilot a'zo emas. Kimning ishi bo'lsa, shu vatan deb mush ko'k bayroqni ko'targan qanday tashkilotning ishi bo'lsa, ukamada ishim bor keladi desa, biz qilib beramiz. İşte ateşkilatını kesme kılmayayım dedi, kaçını kılmayımız. Lakin bizden yolumuzun tosmagan bolsa, bizge düşmanlık kılmagan bolsa, ümidim. Şuna sizler bir kapılmay, bir küzetçi olup, demişler bu lazımda bir hukuk neyim kılgan bolsanlar. Elbette biz küzetçi olumuz, ege olumuz, toğru iş kıygallarının her zaman yendi turumuz. Hata iş kıygallarını biz tosumuz kırındı şimdi. Biz bir yerde biz muhbir dediniz yani muhbir desek mi buludu ama biz bir yerde kılıvatqa işimizin sırtqı şekli bu ama biz bunun işi de biz bu vatan milletninki hareketini kılıvatqa insanlarımız yani onundan çoğun işlerini kılalayımız yani onun da siz hatırlayacağım bolsanız buludu Allah xas aldığımız günlerde men yana sizlerinin xizmetinizlar to'g'risida sizni sizlar qarindoshlarning ikkiranqa chiqmay shu vaqtda qolgan so'zlarni shu vaqt deyishamiz bo'lamda bo'ldi chunki sizning rolunuz bek cho'ng Müş xalqning ovozini olishda sizlar bo'lmasangiz bo'lmaydi. Sizning rolunuz bek cho'ng. Sizga bek rahmat. Sizga bek rahmat. Nurg'un uchurlarni siz orqali uqalaydi xalqimiz.
Albatta. Sizga rahmat. Biz bu yerda faqat muxbirlik degan narsani emas, masalan burada Yaponiyada tutilgan qarindishimizning nimasini derkini qilyapmiz, Bulg'aristondagi masalalarning derkini qilamiz. Buni ekranga olib chiqib, xalq besim paydo qilib, tashkilotlarimizni aktivlashtiramiz. Nima qilamiz? Yana bu isloh qilamiz, maqtaymiz, tanqidlaymiz degandek masalalarni qildigan organ biz. Allah razı olsun. Men Ferhat Yo'rinqash efendimni biroz saqlatgan bo'ldim. Qarindishimiz bilan yana Alloh xohlasa oldimizgi kunlarda nima qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum Ferhat efendim. Va alaykum assalom. Tajalli efendim, qanday ahvoldir? Yaxshi, salomatulloh. Yaxshi, alhamdulillah. Siz bu telefonni yantoq qo'ygan bo'lsa, taqim yaxshi bo'lamdiki deb o'yladim men. Maşakilde. Bu şekilde nayet yaxshi chiqdi. Muqim bir yerga qo'yibsizlar, nayet yaxshi. Alloh razı olsun, rahmat. Sizni biroz saqlatib qo'ygan bo'ldim, chunki birozdan oldida ulanmay qolgan bo'ldi. Ya hechqisi yo'q, hechqisi yo'q. Bu siz o'ng tarafga 2 sm surilib qo'ysanglar, nayet yaxshi bo'lib ketadi. Inshaalloh. Xo'sh, oldimizda mo'yin bir yig'in bo'layotdi. Hoş. Ve aldığımızda dünya karakterlik bir namoyish chaqiriqi bo'layotdi. Bununla her tarafdan teşviqat qilinayotgan bo'lsa-mu, ama bazı qarindoshlarimiz aktif şekilde her devlette nim qilyotdi, ama yani bazı jihatlardan 4-oyning 26-kunidagi namoyishdek bir şekilde bir ovoz chiqarolmaydi xalqimiz. Bunun demdi bu namoyish to'g'riliq paranglashaylik ki buningki nemisi qandaq davom qilyotdi, buningki harakati faoliyati. Uningdan keyin endi yig'in masalasi kelaydi. Vaqtimiz 45-50 minut atrofida, shuni qisqa şekilde sorayım. Rahmat Tajalli efendim. Aldı bilen ekran aldığındaki bütün aziz qarindoshlarımın yürekten salamlayman. Siz de ötkendek Dünya Uyghur Kulturining chaqirig'iga asosan 11-oyning 6-kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı yani Ceneva'daki bir yerde zor bir namoyish qilishni qaror qilgan. Bu namoyishninki tayyorlik xizmatlari asosiyatini tamomlandi. Allah razı olsun. Hozirgacha bütün Yevropada faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz bunga oid qizg'inlik bilan aktivlik bilan ovoz qo'shdi. Hozir bu namoyishga faqat Yevropada yashayotgan qarindoshlarimiz emas, Yevropaning sirtidagi devletlerden köplagan qarindoshlarimiz şu 11-oyning 6-kunidagi namoyishga kelib qatnashishga hozirlanyapti. Mesela faqat shu Avstraliyadan, shunday uzun Avstraliyaning o'zida 30 dan ortiq qarindishimiz shu namoyish qatnashish uchun bilet topib bo'ldi. Faqat Yevropa qarindoshlarimiz emas, Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Yaponiya, Türkiye qatorliq devletlerden bu namoyishga qatnashish uchun hozirlanayotgan qarindoshlarimiz var. Bu qatimki namoyishga biz Uyg'urlardan boshqa yana Tibetliklarni tizimlatdi, 200 dan ortiq Tibetlik. Tibetliklarni bizning sepimiz qo'shilib bu namoyishda biz bilan birga bo'ldi. Biz hozirgacha namoyishning bütün tayyorlik xizmatlarini hozirlab bo'ldik. Namoyish 11-oyning 6-kuni ertaga soat 9 yig'ilishga boshlaymiz. 11da yig'ilgan yerdan BDTning binosi oldidagi maydonga yurish qilamiz. Onundan keyin namoyish bu yerda davom qildi. Biz maxsus bu yerga bir supa sahna hozirlatdik, sahna buritdik. Maxsus lozunkalarni, ya'ni Xitoyningki Sharq Turkiston tasdiqlagan jazo lagerlarini aybligan bu fosh qilingan maxsus lozunkalarni buritdik. Buningki namoyishimizga albatta bu yerda BDTninki bir qism xodimlar va chet ellarda g'arb dunyosi faoliyat olib borayotgan kishilik huquq tashkilotlarining vakillarimi asosiyatin kelib namoyishda bizlar birga bo'ldi. Buning tayyorlik xizmatida masalan bu qatnash deymiz, tashviqotdan kelayli. Tashviqot xizmati burunga qaraganda biroz jonliq bo'lmadi deb qarayman. Buning qanday qaraysiz? Albatta ba'zi tashviqot jihatdan ba'zi yetersizliklar bo'ldi. Çünkü bu namoyish bilan birga yana bir muncha faoliyatlarni birga o'rlashtirilgani uchun, masalan namoyish bilan birga uning ulabda Sharq Turkiston Milliy Kengashi chaqirildi. Dünya Uyghur yoshlarining uchrashuv yig'ini chaqirildi va Istiqlol marshi
mukofotini taqtish murosimi bir o'tkazildi. Shu bir yurish bir qancha cho'ng faoliyat birga o'rinlashtirilgani uchun albatta namoyishning tashviqot jihatidan avval qatimqi ikkinchi kun o'tkazilgan namoyish demak nima qilamiz yaxshi bir tashviqot apparamdik deb o'ylaymiz. Shundaqda yana xalqimizning qizg'inligi nihoyatda yuqori, xalqimizning qizg'inligi nihoyatda yuqori madad beryotidi, keyin ovoz qo'shyotidi. Yana birisi bu janva Belgiyaga o'xshamaydi. Endi avval qatim biz Belgiyada namoyish qilgan, atrofida Gollandiya nihoyatda yaqin, Fransiya yaqin atrofdagi davlatlarda Uyg'urlar yashaydi. Ammo janva endi biroz birisi Shveysariyada yashayotgan Uyg'urlarning soni biroz oz, shu 100 atrofida bo'lsa kerak, bunga yetmaydi. Bunga qatnash biroz qulaysiz. Unda bo'lgandan keyin shunga bu qatimki namoyishning kelimasi avval qatimkidek bo'ldi, ammo inshaalloh buning ko'lami nihoyat zo'r bo'ldi deb o'ylaymiz, chunki tizimlatganlar nihoyat ko'p, bir qancha ming kishi hozirgacha kelamiz deb va'da qilgan. Faqatlar Yevropaning sirtidan kelganlarning soni hozir 200 ga yaqinda endi shu namoyishga. Shu Yevropaning sirtidan uzun yiroq davlatlardan kelishga hozirlanayotgan qarindoshimiz Alloh rozi bo'lsin. Men Dunyo Uyg'ur Qurultiyi nomidan bütün bu namoyishni qo'llagan bütün tashkilotlarimizga, bütün jamoat arboblarimizga, bu namoyishni muvaffaq etish uchun duo qilgan bütün qarindoshlarimizga, aziz qarindoshlarimizga qayta minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman. Allah razı olsun. Qatnash masalasini-chi, masalan, bu da qatnash masalasida endi buningda masalan har bir davlatdagilar o'zlari qatnash masalasini shu davlatlardagi tashkilotlar o'zlari hal qilgan bo'ldi. 30 qirollikda maxsus shaxsiy mashinasi va shaxsiy mashinasi bilan mashinasi yo'qlarga maxsus tashkilotlar nima 30 qirollikda masalan Germaniyadan 30 qirollik, Norvegiyalik va Gollandiyalik qarindoshlarimiz 30 qirollikda biraz uzun davlatdagi qarindoshlarimiz Oriflar bilan kelyapti. Masalan Norvegiyalik qarindoshlarimiz, boshqa yiroq davlatdagi qarindoshlarimiz Oriflar bilan kelyapti. Nurg'un qarindoshlarimiz yuzlagan va shaxsiy mashinalar bilan, kichik minibuslar bilan kelishga hozirlanayotganlar va biz shu park masalasida 30'ninki hammasini biz shu janva saqchi idorasi bilan oldin so'zlashib buni o'rinlashtirdik. İnşallah bu kadar bu namoyishimiz muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Shundaq namoyishni texmo hayvatlik bir shaklda yapirish uchun, ko'rkam shaklda yapirish uchun biz oyulduzlik bayroq tushirilgan oyulduzlik jilet yasatdik bayrog'imizning rangida. Uni namoyishlarga shayda taqib beramiz. Namoyishni qo'g'daydigan tartib qo'g'duvchilar 50 dan 60 kishi tartib qo'g'dash xodimlari yine bekitib chiqdik. Ular namoyishning tartibiga u yerda mas'ul bo'ldi. İnşallah bu kadar bir namoyishmi nihoyat bir shaklda aprel deb o'ylayman. Ham shuni ishlaman, chunki avval qatimki namoyishimiz shunda bo'lgan. Namoyishdan keyin avval qatimki 27-kundagi namoyishdan keyin maxsus Belgiya Brüksel saqchi idorasi alayda rahmat xati uvatdi bizga. Namoyishni raddiy qonunliq nihoyat yaxshi bir shaklda, tartibli shaklda aprelda deb maxsus minnatdorlik bildirdi. İnşallah bu qatimki namoyishmi shu shaklda berildi. Yani bir yerde taklif koyduğunu hava biraz soğuk kaldı. Qarindoshimiz biraz şunu da qilish kerak. Yani birisi biraz yağmurluk bo'lishi mumkin namoyish kuni. Bunun biraz hazırlık qilish kerak qarindoshlarimiz. Masalan kunlik yağmurluk degandek. Bunun tayyorlab qilish kerak. Nurg'un qarindoshlarimiz tashkilotlarimizning o'zallik lozunklarini, taxtlarni, rasmli taxtlarni hazırlayotdi. Jazo lagerlarida tutulubatgan turmlarda tutulubatgan qarindoshlarninki ota-onalarning ko'rib qoldirgan resimlari cho'ng aytib, uni masalan maxsus bo'yniga eski yordamchisiga kelishga hozirlanayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor, o'zligini yasayotgan. Ammo biz bu namoyish tartib hay'ati bo'lishimiz bilan, bu tayyorlik komiteti bo'lishimiz bilan uning yerine maxsus cho'ng lozunkalarni, cho'ng bayroqlarni maxsus bo'lib yasatdik. Allah razı olsun. Bu mashina to'xtatish masalasida men bu da bir xabar angladim. Yani bekarlik o'rnining bog'liqini yoki azonyaning bog'liqi masalalarida buningda bir konkret xabarlari yoki buning o'xshagan tomoq, yotoq degandek masalalar konkretroq deb beradigan masalalar bormi? Namoyish bu yerda 30'ne maxsus biz tayyorlik komiteti nomidan biz har qaysi tashkilotlarga, Yevropa tashkilotlarining hammasiga biz maxsus uqtirish taqatdik va 30'ne yerda farq qiladigan maxsus yanimi xaritasini, adresini ularga o'tib berdik. Endi shaxsiy mashinalar bo'lganlar o'zlari
amal kılış gerek. Park meselesini özdürel kılış gerek. Cenve biraz tesir eklemde park tepeş. Karındaşlarımız park meselesini küçük maşinlerden bağlan karındaşlarımız, minibuslardan bağlan karındaşlarımız park meselesini el kılış gerek. Eğer şimdi bu cihette ciddi kıyınçılık görülse şu Cenve'deki bizim bu tayarlıq komitesinin azası Tursuncan karındaşımız var. Onun olan bir alakası bulundu. Bununki alakalaş numaralarını biz bütün Avrupa'daki teşkilatlarımızga ve şu Avrupa'daki teşkilatlarının rehberleri ne öz sigaran tayarlıq komitemiz var. Şunun kendileri de haberlendirdik, takat. Hem de tamak meselesi kelsek biz tamak taktamayımız avval katim bilgeti takat kattık. Bir adam da bilges nime Brüks nime Cenver Sakçıdarsın belge ruhsatide namayış meydanda tamak iş menni kılıngan kim. Biz ahir katim bardığan bu meydanda. Şuna namayış toplangan vaxtıda Köln'ün buydu toplanımız aşı Cenver'deki versiyon sarıyını aldı da. Şeyde biraz yemek naştı kılıvarsa kardeşler. Çünkü 9'da toplanımız 11'de yürüyüş kılımız. Angaç biraz vaktimiz var. Şunun kardeşlerimiz tamak meselesini özüre el kılıç gerek. Bunun biraz kertip koyayım. Ama namayış meydanda biz bağlandığın kim BDT'ni aldırdık ki namayış meydanda bir yerde tamak iş menni kılıngan kim. Bu ne Cenver Sakçıdarsı alaydı uqtırıptı. Tamak yeyiş degenin ma'nisi yani uşak su içiş yoki mundaq bir qo'ldagi bir narsalarni yeyish degandek narsalardan sirtqi bir gap shunaqmi? Maxsus tamak. Albatta bu mesela belki muhitninki haqsızlığı ko'z tutgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Çünkü o bütün sayahatchilar yig'iladigan bir maydonga simbol xarakterli o'rindiq bor. So'nib ketgan o'rindiq bor. Bütün sayahatchilar aytib ko'p bu yerda. Şoň belki yani ki tazılık muhitni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Jiq adam bo'lganda biz necha ming adam hamda. Şoň su menimcha hech qanday bir problem yo'q. Albatta bolalar qo'zg'ashgan kichik bolalar bo'lsa albatta o'sha narsalarni qilsa bo'ladi, ammo rasmiy qamoqda deymiz shu narsa. Oyoqlashadigan vaqt-chi? Oyoqlashadigan vaqti biz bilgiga nima Cenver Sakçıdarsın belge ruhsatı ettigen saat 9'dan tush soat 1gacha. Bir de ahırlaştırmamız. Bir de ahırlaştıktan keyin andan keyin hammamiz o'zimiz kelgan davlatlarga qaytamiz. Ya'ni namoyishdan keyin hammaylar o'zi kelgan mashina, avtobus, aeroplanlar bilan o'ziga qaytadi yani. Albatta. Bundan keyin bu yerdan bu Cenver'den biz bilan birlik avtobus bilan qaytib Germaniyaga qaytib kelib, Germaniyada davom qilgan yig'inlar qatnashgan qarindoshlarimiz var. 80dan ortiq. Ular uchun biz maxsus avtobus kiralab qo'ydik. Biz yani kiralab avtobus aparmiz. O qarindoshlarımızın ko'pinchisi Belgiyaga bevosita bilet olib taraflan Shveysariyaga, Cenverga, masalan Avustraliyadagi, Amerikadagi ba'zi qarindoshlarimiz. Shunga ularni akilish uchun ularning soni 70-80 100 ga yaqin. Ularni akilish uchun maxsus avtobus kiradi. Allah razı olsun. Ceneve namayişi to'g'risida qarindoshlarga bir cheklab qo'ydigan, deydigan, chaqiriq qildigan bir so'zlar bor. Endi bu yerda eng muhimi, chunki haqiqatan biz namoyish qilgan vaqtimizda Xitoy zaten bu namoyishni to'sish uchun har xil vositalarni qo'llanadi. Avval qatim shunday bo'ldi. Masalan, ba'zi kuch kiritadigan ba'zi hodisalar bo'ldi. Ba'zi Xitoylar namoyishchilar to'plangan yana atrofga kelib turib oldi, resim tortish vositalari oldu. Ama ba'zi qiziq qarindoshlarimiz yo'lda biz namoyish ketayotgan vaqtida Xitoylarni urib qo'ygan ahvol bo'ldi endi. Ama bu yerda bir shikoyat qilish avval bo'lmagandan keyin biz ba'zi nimalardan qutuldik. Shu qarindoshlarimiz bu yerda tartibni qo'g'daydiganga maxsus 50 dan ortiq 50 dan 60gacha maxsus yangi belgisi taqilgan tartib qo'g'duvchilar va hammasi bu yerda ingliz, fransuz bilan qarindoshlarimizni tashkil etdik. Namoyish jarayonida mayli to'planganda bo'lsin, yurish jarayonida bo'lsin va yoki namoyish maydoniga borganda bo'lsin, chunki u Cenverdagi o'sha maydonga Xitoy sayohatchilar eng ko'p borgan. Onun için o zaten yüzlerce Xitoyning vakillar umiga kirdi chiqdi, yenimizni yutishi mumkin. Biz avval qatim namoyishlarda namoyish shu ortalaqa olsa Xitoyning umigimi yenimizni yutab ketgan. İşte avvallar bo'ldi. Shu yerda qarindoshlarimiz biroz so'qqan bo'lishi kerak. Ba'zi Xitoylar gumonliq ba'zi ahvollarni sezgan vaqtida
buni o'zlari bevosita hal qilishga tirishmay shu tartib qo'g'daydigan ashadagi yangi bir qistab bo'lgan bizniki tartib qo'g'daydigan qarindoshlarimiz kelsa u qarindoshlarimiz soqchilar orqali masalalarni hal qildi. Andan keyin bu nima namoyishda shvartolashga ahamiyat berish kerak. Bu qatim biroz ratlik o'rnashtirdik. Har bir davlat qarindoshlarimiz o'zlari ayrim bir guruh bo'lib mangda har bir davlat tashkilotlarningki maxsus shvartolaydigan bunga mas'ul xodimlari va shuna bu yerda qalayim shvarlama qalayimqan to'lamay shu o'zimizningki davlatdagi qo'shin bilan birga menib shularningki har bir davlatdagi shu shvar to'lashga mas'ul xodimlarning shuvariga o'rtak bo'lish kerak. Allah razı olsun. Yani qandaqlik olsun bu qitim 4-ayning 27-sidagi qadar tashviqot xizmatimiz biroz zaif bo'lib qoldi va uningdan boshqa davlatlardagi biroz mening tuqqanlarim ash kamput turyapti. Buning qisosini ololmayapman. Faqat bir ig'iz so'zam, bir tilim, bir film orqali Xitoyning ko'ziga bir sanjilay deb shu yerga berishni maqsad qilgan qarindoshlar burunqidek bir ko'p bir şekilde men şahsi açta his qilyapman. Bularga nisbatan bir chaqiriqlar bormi? Albatta bu har qanday qilgan ishning bir natijasi bo'ladi, unum bo'ladi. Biz avval qatim faqatla biz 4-27 kun faqatla biz Yevropa ittifoqi Yevropa birligiga, ya'ni 28 davlatga xitob qilgan. Shu namoyishimizdan ham zo'r unumi bo'ldi. Bilislarni bir qancha hafta burun Yevropa parlamentida maxsus Xitoyning jazo lagerlari meselesini ayıplab qattiq şekilde karar loyihasi ma'qullandi. Bu avval qatimliq namoyishimizningki bir natijasi. Bu qatimki namoyishimizningki obyektiv xitob qilgan obyektivimiz nihoyat zo'r hamda bu BDT'ga a'zo 200 ga yaqin davlatningki vakiliga xitob qilamiz hamda. Ya'ni butun dunyoga xitob qilamiz bu yerda. Shuning uchun bu qatimki namoyishningki bu yerda nimasi nihoyat chaqiriq shunday zo'r. Albatta bazı qarindoshlarimiz buningki darhol unumini ko'rishga oldirib ketgan qarindoshlarimiz bor. Ish tutib qarindoshlarimiz bor. Ammo biz g'ayrat qilishimiz kerak. Biz g'ayrat qilsak, harakat qilsak uning barakati keladi. Bo'layotadi ana masalan Amerika parlamentida maxsus qonun loyihasi ma'qullandi. Yevropa birligida qaror loyihasi ma'qullandi. Endi bu yerda BDT'dimi biz necha minglagan odam shaga berib o'zimizning urug' tuqqanlarning resimlarini, ota-onalarimizning resimlarini ko'tarib qacharan shuvarlarimiz orqali aşağıda BDT'dagi yig'in qatnashayotgan 200 ga yaqin davlatning vakillariga bu yerda jaran shuvarlarimiz orqali xitob qilishimiz kerakki, dunyo jamoatchiligi orqali Xitoyga jiddiy shaklda bir besim shakllantirishimiz kerak. Endi bu hozir garchi bu Xitoy hukumatı bu jazo lagerlari masalasini da hech qanday bir tashqi ko'rinishdan bir oqiga chekingandek görünüsü mü, devamlı bunu icra kılavatqanda görünüsü mü, ameliyat Xitayda bir işkiliniş var hazır Xitay merkezi hükümü. İğir besim var çünkü Amerika'dan tatı Avrupa Birliği geçe hem de hazır BDT'den tatı. Bütün dünyada İğir Xitayga bir besim var. Şunun için Xitay bu besimle ait İğir es kılıqlı. Şunun için hazır bazı gaplar çıkmadı. Çünkü onu almıştırıp diken okurken bu. Muşa gaplarının çıkışının üzümü Xitay'nınki bu siyasette bir işkiliniş kişide durvatqanlığını. Qanday qilsam bo'ladi deydigan bir ikkinish ishi turayotganligini ko'rilishi mumkin. Bu vaqtim chet ellik kuzatuvchilarning bu vaqtim qarashtirib bor. Shunga biz texnik g'ayrat qilishimiz kerakki, dunyo jamoatchiligininki besimini yanada kuchli shaklda qo'l keltirishga tirishishimiz kerak. Inshaalloh biz zaman bu qilgan ishimizningki, bu mujodilamizningki natijasini olamiz. Amon bir kuni vatan ichida jazolardan azab chekayotgan xalqimizni cho'qim bir o'rlikka erishtiramiz degan ishonchdaman. Allah razı olsun, köp rahmet. Namoyish to'g'risida mushunchalik to'xtalaylik. Bu yig'in masalasini nihoyat muhim. Sharq Turkiston Milliy Kengashi va buning ichiga o'rlashtirilgan yoshlar hamkorlik uchrashishi, uningdan boshqa bu istiqlol marshi, mustaqillik marshi, uzundan beri ilib berilayotgan buningki mukofot kuni degandek masalalardan biroz to'xtalamiz. Uninggacha bu ayollar masalasimi o'tgan qitimliq namoyishda nihoyat jiddiy bir tashviqot xizmati ilib berilgan. Bu qitim ayollarda nihoyat yaxshi bir kuchni ko'ryapmiz inshaalloh. Biz bu demokratik bir şekilde yani bu
ayollarning kuchiga misol qarag'ili bo'lmaydi. Bo'lib namoyish maydonida hozir 20 degidek ayollarni ko'ryapmiz. Hatto ba'zi namoyishlar Allah razı olsun hanım kızlarımızdan çünkü şu bir 2 yıldan bu yan mabeyinde bütün dünya miqyasında ciddi bir ayollar hareketi uygun işi var. Bir güçlü bir ayollar hareketi var. Bütün devletlerde asasen bir məxsus ayolların grupları var. WhatsApp artık başka məxsus grupları var bulanın ki ayollar teşkilatları kendi kurulup atıdı, canlı atıdı. Şunu qaraygan bolsanız hazır bütün namoyishlerimizde narazılık faaliyetlerimizde hatta 20'den köprek 60% yakra asasen bu hanım kızlarımızdan ve farzandlarimizin teşkil edip atıdı. Bulun mu hanım kızlarımızın ki hazırlaşıp göstergen fedakarlığı ki bir neticesi hem yaşlar herkesin ciddi bir canlı iş var. Yaşlarımızdan mı bu namoyish qilgan qiziqarli altyapıları nayeti yok. Allah razı olsun. Ben ayollarning ichida aktiv xizmat qilayotgan hemşehrilerimizden, xonim qizlarimizdan Roshengul xonimni ikkiran olib chiqay deb jiq terishdim, ammo ish ustida bo'lganligi uchun ikkiranga kelinmay qoldi. Men naq maydonda bir telefon qilsam deb o'yladim. Hozir naq maydonga bir telefon qilsam, bu jihatda ayollarimiz qaysi shaklda ketyapti, bu to'g'risida bir so'zni anglab boqqan bo'lsak deb o'ylayman. Albatta yaxshi bo'ladi. Ish ustida ekanligini biletdim. Balkim olinmasligim mumkin, shuna bo'lsa-mu terishib boqaylik. Men birozdan keyin yana bir urushqa sizdan vaqt so'raymansa, Farhat efendim. Bunu da elbette gayet yaxshi bo'ladi. Ba'zi ish Hanım o'rinlarida kızlarımızın ağzına alırsak bu gayet yaxshi bo'ladi. Texma ehmet deb qo'ydik. Bu Cenve yürüyüşüden keyin Germaniyada bu Sharq Turkiston Milliy Kengashi degan bu yig'in, bu majlis ichilmoqchi. Buningki Sharq Turkiston deb atılışı ait adamını hoş qiladi masalan. Ve Milliy Kengash bu söz ait güzel bir chiroyli söz. Bu yig'in to'g'risida mening umidim ait kuchli. İnşallah barman deb o'ylayman. İnşallah. Bu yig'in to'g'risida biroz bana yana qarindoshlarımizga, xalqimizga bir ma'lumot bersizlar. Bu yerdan Bunda rahmet. Yani şu ceza lagerleri meselesi çıkandan keyin bu xalqaro ciddi, qattiq bir g'ulg'ula qo'zg'adi. Bütün dünya jamoatchiligini bir şok qildi deyli. Endi bu Xitoyninki bu xuddi ichki dunyo o'xshidagi Hitlerninki nazi kamplarga o'xshatadigan xarakteri mayli shaklini tatib. Bu yani bütün dünya jamoatchiligi qattiq g'ulg'ula paydo qildi. Dünya jamoatchiligi mayli Amerikada bo'lsin, boshlig'ida Arab dunyosi bo'lsin, BDT'da bo'lsin, Xitoyni kendan bu vaqtda qattiq ayblashda bo'ldi. Ammo Xitoy dünya jamoatchiliginiki bu nimasiga parvo qilmadan bu siyosatni davomlashtirish tinchdi. Biz dunyo kultiy institutimiz bilan qo'limizdan kelgan g'ayratni ko'rsatdik bütün xalqaro siyosatlarda. Endi biz xalqimiz hayot mamatlik bir xavfga duch keldi. Milyonlagan xalqimiz jazo lagerlarida. Yana 10 minglagan, 100 minglagan qarindoshlarimizni bu jazo lagerlaridan Xitoyning ichki o'lkalariga yo'tkash ahvollari ko'rildi. Bu nihoyat cho'ng bir krizis endi. Bu Uyg'urlar uchun ham Sharq Turkiston xalqi uchun bundaq bir krizda buningdan keyin buni hal qilishninki yangi bir chora tadbirlarni eng jiddiy, eng unumli yangi bir yo'l xaritasi buningdan keyin Xitoyninki siyosatiga, bu xil siyosiy qanday taqobil turamiz. Qanday yo'l tutsak texnik unumga erisha olamiz. Deganni maqsad qilib turib biz dunyo kultiy bir chaqiriqni o'tirib qo'ygan bütün dünyadaki siyasi faaliyetçilerimiz, teşkilatlarımız bunun çaprazına kızgın avaz koştu. Hazır 22 devletten hazır 200'den artık 22 devletten 250'ye yakın vekil bu yığınga kilişke hazırlanıvatıdı. İnip boğansan şu 22 devletten kelivatıdı hazır. İnşallah bu yığınımız muhabbetli geçirdi oylayayım. Bunun bütün tayarlı hizmetlerini ötel, tamak meselelerini hemmini uğurlaştırıp oldu.
Bu 22 devletten keldiğin 250 nefer adam şu emmiz tekliflik adamlar mı yoki Teklifki vekillerinde məxsus şu devlet teşkilatlar, cemaatler, bekitmegen vekiller bula kilovatıdı. Biz bunu gün tertibine asasiyetini hazırlap olduk. Biz 11. ayının 6. günü namayışını tüketip qaytib kelimiz. Qaytib kelip 11. ayının 7. günü işte biz Dünya Uyg'ur Qurultayı icra komitetining kengaytirilgan yig'in açımız. Undan keyin 11. ayının 8. günü ertigen 9:30dan başlap bu Sharq Turkiston Milliy Kengashine chaqiramiz. Bunga ait qimmatlik chet ellik mashhur shaxslar, arboblar, parlament a'zolari, xalqaro kishilik tashkilotlarining mas'ullari, hatto BDTning ba'zi xodimlari, hatto xalqaro sudning ba'zi nimalaridan tortib bu yerga kelishga hozirlanyapti. Inshaalloh ishlash murosimi yaxshi bo'ladi. Undan keyin biz maxsus 3 kun toki 11. ayninki 10. kuniga qadar biz butun dunyodan kelgan vakillar bundan keyingi Sharq Turkistondagi yangi milliy harakatimizningki milliy mustaqillik harakatimizning yangi yo'l xaritasini Xitoyga taqobil turishning yangi chora tadbirlarini muzokara qilamiz va buni bekitib chiqamiz inshaalloh. Allah razı olsun bu tekliften sırtqı adamlar mı qatnaşa olamdi? Bizdeki endi bu yig'inimizningki ichilish marosimi bilan 2. ayning 11. ayning 8. kuni 9:20dan 3 soat 1gacha davom qildigan chet ellik sharaf me'morlar qatnashgan bu ichilish marosimi ommaga ochiq. Xohlagan qarindoshimiz bunga qatnasha oladi. Undan keyin 11. ayninki 10. kuni kechda o'tkaziladigan yepilish marosimi soat 7da. 7'den saat 10'gacha o'tkaziladigan yepilish marosimi ommaga ochiq. Bunun qatnasi bo'ldi. Ammo orliqdagi yig'inlarning hammasi bu ichki yepiq muzokara, hatto telefonuma taqoytimiz biz muzokara jarayonlarida resimga tortish cheklangan, filmga cheklangan maxsus bekitilgan xodimlar bor. Chunki bu o'zimizningki ichki maxfiy suhbat bo'ldi. Rahmet, Allah razı olsun. Bu o'zligidan kelganlarning yotoq tomoq ishlari uchun. Biz faqatla shu Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik gruppasi qurgandik. Biz tayyorlik komiteti. Shu komitet tarafidan maxsus Sharq Turkiston Milliy Kengashining vakili deb taklifnoma o'tgan qarindoshlarimizninki biz tamak bir yerde yatak meselelerini biz öz üstümüzge almış, biz götürümüz. Ama özdire biz teklif devamı üretmegen özdire kelgen karandaştığımız elbette biz bu hafta okutur çıkargan mahsus ilan kıldık. İçtimai taraflar Qurultayning torbetinde çıkımıga özü iyi buldu. İyi oldu gerek. Allah razı olsun. Bu meselenin keyin yana sizden başka sorayım ha. Hazır Ruşengül Hanım'a telefon qildim, bir sözünü anlagandan keyin andan sözünü yana sizga qaytarib beraman. Assalomu alaykum Ruşengül Hanım. Aleyküm selam. Sen tecelli ustaz, qanday yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Şu aldirash vaqtingizda vaqt chiqarib qarindoshlarimiz bir qancha so'z qilish fursatiga vaqt berdingiz. Rahmat sizga. İkiranga keleyli deyiştik yo ama bu hizmetinin aldırışlığı, işinin aldırışlığı tüpeyilden kelemdik. Allah xası aldığımız zamanlarda kelemiz. İnşallah şu fırsat bulmayı vatıdı. Aldığımızda vakit çıkaramız. Rahmet. İnşallah. Hoş. Bugünkü söhbetimizde Ferhat Efendim bilen Erkin Ekrem Efendimle bilen nahit ciddi söhbet ilip bir vatımız. Keyfiyatımız nahit yaxşı. Ayallarımız, hemşehrilerimiz, hanım kızlarımız bugünkü davada nahit ciddi rol oynayotganligi hammaga ma'lum. Namoyishlarda 20dan chiqroqini egallab ketyotdi son jihatdan va ayollarning kuchi nahit jiddiy va cho'ng hamda. Hamda siz hamda bu ayol er deb ağrımaysiz, belki bu davada uzun yildan beri xizmat qilayotgan bir siyosiy faoliyatchi, bir xalqninki, millatninki bir xizmatchisi. Yani
bu aldığımızdaki cenve yürüyüşü meselesinde teşvikatımız da töven bulavatkanlık için ben bunu sizden yani kayıt sorayım. Bu cenve yürüyüşüne nispeten qanday bir göz karşınız var, kıyırındaşlarımız qanday bir sözünüz var, sözünüzden bakayım. Buldu rahmet. Dastlabda ustoz Silningmi shu mazlum xalqimiz ve işgaliyatdagi vatanimizning hurligi uchun tirishchanlik bilan xizmat qilib kelyapsiz uzun vaqtlardan beri. Buning uchun sizga bir rahmat aytqim bor. Cenab-ı Allah neticesini ve savaplarını ziyoda qilgay. Dünya Uyghur Kurultayı bu yıl 6 noyabr günü dünyanın her qaysi ellerде yaşayotgan Uyg'urlarning Jenevada namoyishga yig'ilishini chaqiriq qildi. Aktiv qatnashishni tashabbus qilib kelyapti. Endi men hozir vatandagi xalqimiz yuzlanayotgan bu ichinarliq vaziyatni yana ta'kidlab so'zlab o'tirishim behojat, vaqtni qisqa taraflarda kashf ketib bordi. Shu namoyishning o'zini so'zlasam, bu qitimqi 6 noyabr Jenevada bo'ladigan belki oldidagi bu namoyish Xitoy hukumatining har 5 yilda bir qitim yuzlanadigan shu kishilik huquq bo'yicha butun dunyo jamoatchiligi, davlatlari, tashkilotlari oldida so'roq tortiladigan bir mezgilda berilyapti. Endi buni balkim qarindoshlarimiz qayta sharhlab o'tyapti. Endi buningki bu Jenevadagi bu namoyishning endi biz uchun bo'libmi bugünkidek shunday ishg'oliyatdagi vatanimiz, shu bechora xalqimiz shuncha zulmga uchrayotgan bir vaqtida endi bu namoyishning qanchalik muhim ekanligini endi hammamiz faraz qila olamiz. Endi hozirgi tushkini endi bu qiladigan ish ko'p, vazifamiz ig'ir. Vatanimiz Sharqiy Turkistonni munqarizlikdan qutuldirish, vatanni ozod qilish yoki jazo lagerlaridagi shu bechora begunoh urug' tuqqanlarimizni qutqizish bir quruq gap bilan, quruq shuar bilan bo'lmaydi, buni hammamiz bilamiz. Yoki Facebook chiqib olib, yo WhatsApp guruhlariga kirib olib, qo'limizdagi telefon bilan yoki kompyuter bilan bo'lmaydi. Balki bu bir fidokorlik talab qiladigan, badal to'laydigan bir ish. Ya'ni bu fidokorlik, bu badal to'lash deganimiz endi hammamizning mas'uliyatimiz bor, oilamiz bor, xizmatlarimiz bor. Shu oiladan, uylardan ayrılib, xizmatlarimizdan ruxsat so'rab, bolalarimiz bilan birga o'tkazadigan shu orombaxsh voz kechib, shu safarga atlanishimizga kerak bo'ladi, shuning hojat bo'ladi. Endi tashkilotlarimizning yanada bo'lish bilan ham ularga shohid lozim bo'lsa, ularga shohid bo'lib, ovoz lozim bo'lsa, ovoz bo'lib, oldiga qarab neyish lozim bo'lsa, tashkilotlarimiz, rahbarlarimiz biz shularning qadam elishi uchun ularga put va ularning qadamlari bo'lish bilan bizning shu arzu istaklarimiz amalga oshadi. İmkaniyeti bağlı bo'lsa, endi imkoniyati bor bo'lgan qarindoshlarimizning xizmatini, oilasini yoki bola vaqinlarini o'ylab bormaslikqa qaror bergan qarindoshlarim bo'lsa, meniki deydiganim endi 1-2 kun shulardan voz kechaylik. Xizmatlarimizdan, oilamizdan, xotinimizdan voz kechaylik. Shunday bir fidokorlik qilaylik. Chunki shu fidokorlik qilayotgan, shu badalni to'layotgan shu tashkilot rahbarlarimiz, shu namoyishga kelayotgan dunyoning hamma yerlaridan shu qarindoshlarimiz, shularning shunday mas'uliyatlari bor. Annisning oilasi bor, bana sabab ko'rsataymiz desam, hammadan har turli sabablar bor. Şimdi oson emas. Endi bu vatan millatning davosini qilish oson emas. Onun ustiga bu faqatlandı tashkilotlarning yoki bir qism shu davoda oldin minayotgan bir aktiv faoliyatchilarning mas'uliyati emas bu endi. Vatan hammamizning vatanning, xalqimizning hurligi shu hammamizningki.
mas'uliyeti, mecburiyeti ve hemimizden liderliği bilen ameli iş kılışımız bilen buladı. Shundoq. Şu Allah razı so'zlab olsun. ketdim, kechirsin. Yo'q, rahmat, shunday yaxshi so'zlab berdingiz. Oxirida yana bir kichik bir savol so'rayman. Undan keyin sizning vaqtingizni olmayman, chunki ish ustida bo'lganligingiz uchun. Bu yaqindan bir qilayotgan xizmatinglarni ko'rib turyapmiz. Siyosiy faoliyatlar, universitetlarda qilinayotgan faoliyatlar, bu tashviqot organlarida, televiziyalarda, ba'zi parlamentlarda, masalan, bu faoliyatlaringlarninki bu to'g'risida bir kichikkin to'xtalib bu ayollarning ish qila oladiganligi, masalan, chunki men bundan nojiq jasorat olaman. Bizning ichimizda ayollar noiti jasoratlik, ammo siyosiy faoliyatda aktivlar biroz oz hamda oz sonda. Bularga bir jasorat berish uchun, bularga bir ilhom berish uchun bir so'zingiz bormi bu xizmatlaringizni tilga olgan asosda? Rahmet, ben de hazır bayman dep hemmimiz qo'limizdan nima kelsa shuni qiladigan, qalbimizga kelganligi shu vatan millat uchun foydali bo'lgan ish bo'lsa, shuni amaliyatimizda ko'rsatadigan 8 soat xizmatimizdan boshqa butun vaqtimizni shu vatandagi hozirgi ishg'oliyat ostida turayotgan vatanimizning ichinarlik holatini o'zgartirish uchun ishlatadigan vaqtimiz hamda. Buningda mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, men davomli takrorlaydigan bir inglizcha gap bor. If there is a will, there is a way degan gap bor inglizchada, ya'ni iroda bo'lsa yo'l topiladi. Endi buni ayollar öyen vardı, balan vardı, kalan vardı, bu degan narsalar bilan o'ziga bahona sabab topmaslik kerak. Erlar bu ayollarni davomli muvaffaqiyatli mingishi uchun qo'llab berayotgan shu uydagi shu mehribon ayollari, ayollarning bu qismatni ailesini tashlab qo'yib, boshqa ayollar uyiga kelib tomoq etgan, uyning ishini qilgan vaqtida butun vaqtini shunday u yerga berib so'zlash, muxbirlarga uchurlarni berib, uchurlar bilan ta'minlash, hukumatning muhim o'rinlarga berib, shular bilan so'zlashib, shularga vatandagi bo'layotgan shu zulmlarni vaqtida anglitib turish uchun erlarning qo'llashiga hojat bo'ladi. Mana shu meni %100 qo'llab berayotgan birisi bo'lg'achqa shu ishlarni qilishga vaqt chiqara olyapman. Shuning uchun endi bu hozir vatan shunchalik ichinishli ahvolda turgan ekan, qarindoshlarimiz qon yig'ilib, ularning orzusi, umidi faqat ularni biz ekanmiz. Buningda butun oilacha erlarning vazifasi, ayollarning vazifasi emas. Yani ben bo'lganken sen turibdi emas, hammamiz bunga atilishimiz kerak. Allah razı olsun. Jiq vaqtimlarni olib ketdim oxirida xulosalaydim. Faqat efendim oldimizdagi faoliyatlar uchun fidokorlik bilan vaqtimlarni sarf qilib ajr ko'rsatyapsizlar. Allah razı olsun. Meniki jamoatga deydiganim shu kuni 6 noyabr Januari ko'rishayli. Muhojiratdagi barliq vatandoshlarım Sharqiy Turkistonda ezilayotgan xalqimizning jazolarida qiynayotgan qadrdonlarimizning ovozi bo'lib bu safga qo'shilamiz inshaalloh. Janobi Alloh shu muqaddas mujodalamizga hammamizga kuch-quvvat ato qilgay. Amin. Allah razı olsun. Xonim qizlarimizga deydigan bir og'iz gapingiz bormi? Xonim qizlarimiz bir ovoz bir qadamda dunyoni hang-tang qoldirdi. Mayli o'zimizning Uyg'ur jamoatchiligini bo'lsin, mayli g'arb matbuotlari, g'arb hukumatlari, boshqa muhim o'rinlar bo'lsin. Yana o'sha qatam Januariga shu shijoat bilan 3-oyning 15-kuni qandoq o'tirga chiqqan bo'lsak, yana shu ovoz, yana shu qadam bilan Januariga kelishini rica qilaman. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat sizga vaqtdan vaqt chiqarib telefonimizni qabul qildingiz. İnşallah. Rahmat sizlarning xizmatlaringlardan Allah razı olsun. Allohga emanet. Allohga emanet, rahmatimiz. Xo'sh,
Ferhat efendim Ruşen Hanım'ınki sözünü anıla, emmeyle anıldı. Biz yine söhbetimizin devam kıysak. Elbette Roşan Hanım doğru aytdı. Yani bir noktadan ben özümün halkının fəxrlənmə, iftixarlənmə. Biz Uyğur halkı hakikaten fidakar bir halk. Fidakar halk. Biz başka milletlerle daim seliştiriyoruz özümün halkını ama nayet köp atıksızlar var. Nayet fidakar. Hazırki Şərq Türkistan Milli Harəkatının xalqaralıq təsiri bu qısqa 10 yıl mabeynində biz ötken ve bu jarayonda qo'l keltirgan natijalarni bu Uyg'ur davosininki xalqaradagi ta'sirini o'ylab vaqtimizda Uyg'ur xalqining naqadar zo'r bedel to'laganligini, naqadar fidokor ekanligini ko'rsatdi. 1998 yili men Janvarda dal o'sha namoyish qilgan yerda bu Tibetliklarning demokratik Xitoylarninki Janubiy Mo'g'ulistonliklarning Uyg'urlarninki bir to'rt taraf birlashma bir yig'in o'tkazilgan. Shu yerda bir Mo'g'ul vakil shunday degandi. Uyg'urlar nayet fidakor ekansa kelgusida cho'qim u vaqtda Uyg'urlarninki hech qanday Uyg'ur davosining xalqaro asosiyatning ta'siri yo'qdi. Shu deganda kelgusida cho'qim Uyg'ur davosi, Sharq Turkiston davosining ta'siri Tibet davosini ichib ketadi. Chunki sizlar nayet fidakor ekansizlar deydi. Masalan, o'ylab bakın hozir Tibetliklardan maxsus 8 soat maash ilib o'zining davosini qildigan 2000 dan ortiq odam bor. Tibetning ishida. Biz Uyg'urlarnikini yig'ib kelsangiz, Uyg'urlarni hammasini sanab kelsangiz 4 mi 5 bor hisoblar hozir. Mush hozir qarindoshlarimiz namoyish qilish ko'zinayotgan Alloh rozi bo'lsin. Fidakor qarindoshlarimiz hammasi o'zining iqtisodi bilan, o'zining nimalari bilan Avstraliyadan tortib, Kanadadan tortib, Yaponiyadan tortib qarindoshlarimiz maxsus vaqtini chiqarib mush vatan millatimda vatan sidqani yig'layotgan jazo lagerlarida ozod o'qib chiqayotgan shu xalqimizning o'rligi ozodligi uchun fidakorlik ko'rsatib kelyapti. Kelish imkoniyati bo'lmagan va sabablar bilan kelish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlarimiz ma'naviy jihatdan qo'llab beryapti. Hozirgacha bu namoyishga qarshi chiqqan hech qanday bir guruh, hech qanday bir shaxsni ko'mdik. Biz unga shohid bo'lmadik hozirgacha. Kilamaydiganlarmi hech bo'lmasa duolar bilan bizga madad beryapti. Uning ishi nima? Ham inshaalloh bu bizning da'vo uzun da'vo. Bu qatim namoyish kelamasa albatta kelar qatim namoyishimizda kasb bo'ldi, ammo men yana şu bütün namoyish qilish hozirlayotgan qarindoshlarimizdin faxrlanaman. Bütün xalqimiz faxrlanaman zaten. Rahmat o'zlariga. Bu Milliy Kengash yig'indikimda asosli qildigan xizmat nima buni qisqaroq bir deb o'slar undagi yoshlarning maslasiga. Biz maxsus bu qatimki bu Milliy Kengash yig'iniga 22 davlatning 250 ortiq vakil keldi. Bularning ichida maxsus bizningki olimlarimiz bor. Siyasi yollarımız var. Bir yerde maxsus dini ölümalarımız var. Cemaat erbaplarımız var. Anadaki fikir insanları var bir yerde. İstirahat mutasarrifin dağıtıp fikir insanları var bir yerde. Bunlar hemimiz gelip biz mesela o Şərq Türkistan Milli Kengaş Tayarlıq Komiteti çağırış çıkardık. Muş vekiller bunun dinkin Şərq Türkistan meselesine qanday yaplarımız, qanday bir yol tuttuğumuz, istirahatimiz ne bulundu degan temalarda biz bir tema belgilep çağırış qilgan hozir maxsus bu chaqiriqqa 30'ga yaqin maxsus bizning mutaxassislarimiz, olimlarimiz, siyosiy yo'llarimiz chaqiriq ovoz qo'shib maxsus o'zlarininki yozma dokladlarini, takliflarini hozirlab kelyapti bunaqa yig'inga. Bular o'zlarininki taklif loyihalarini o'tirib qo'ydi. Masalan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy masalalarni qanday hal qilishni tortib, bütün yoshlarni qanday jonlantirish, ayollarni qanday jonlantirish, Xitoyning bir balvoq istiqrorlik planiga buningga qarshi xalqaro harakatningga qanday maslahat berish masalasi, jazo lagerlari masalasi, buning taqabul turishning chora-tadbirlari har xil temalarda mutaxassislar maxsus hozirlik bilan kelyapti. Yechildi. Biz bu masalani maxsus 2,5 kun talash tortish qilamiz. Qilib buningdan bir xulosa chiqaramiz va o'zimizningki buningdan eng yangi yo'l xaritamizni, istiqroratimizni bekitimiz. Yani bizdeki yani bir suyunduğun tarafım biz halkımız çoğun bir balay afeti duş kelgan vaqtida, çoğun bir krizga duş kelgan vaqtida o'xshamagan fikr eqimdagi tashkilotlar, o'xshamagan fikr eqimdagi shaxslar, siyosiy faoliyatchilar
Halkımızdaki tüp menfaat için, umumi menfaat için derhal bir araya ilerleydi. Buna ait o güzel bir adetimiz var bizimki. Mesela o 97. yılı Golce inkılabı vaxtida bütün teşkilatlar şu vaxtida hatta bir-birisinden aqtağlık, qartağlık olgan şəxslər derhal bir yerə kelib birləşkən. Mesela 2009 yıldaki 5. yol ürünçü 40. yılında şunda bütün dünyadaki teşkilatlar siyasi faaliyet derhal birleşip Xitay'a karşı bütün dünya miqyasında Xitay'a karşı ortak etken ifade. Bizninki bu qetimki çağırğımızgımı xuddi yuqarıdek samimi saf niyet bilen ya da 22 devletdeki 250 bin artıq vekilimiz bunu çağırıp avaz koşup vaxtını atayeten çıkarıp özünün teklif layihələrini hazırlap yolunun çıkımını özü töləp yerге kilişke hazırlamadıdır. Hemisiye qayta elbette minnettarlığımı bildirmek. Allah razı olsun. Bu yığınninki asaslık maqsadlardan biri bo'lgan bu yoshlar masalasi bugun o'zingiz ko'ryapsiz, yoshlarga jiddiy bir uyg'unish bor. Bu yig'indimi maxsus vaqt ajratilib, maxsus yoshlar uchun yer berib, so'z berib, bunga bir faoliyat o'rinlashtiribsizlar. Bu yoshlar hamkorlik yig'inimi bu yoshlarninki nima deb ism qo'yamiz bunga bir ism qo'yibdilar. Elbette bununki ismi biz koyduk. Mesela Dünya Uygur Yaşları'nınki hemkarlık vatandaşlık pişirişide, dostluk pişirişide. Bilirsiniz efendim, keyinki yıllardan bir yan bütün dünya miqyasında Uygur Yaşları'nın yaşlı hareketinde gayet güzel bir canlış var. Yaşlı hareketinde güzel canlış var. Anındaki bu yaşlarımız, hazırki evlat yaşlarımız iktidarlı. Bunların köpüntüsü özleri turbatkan devletlerde yüksek terbiye görgen yaşlarında, halkara münasebetlerini bildiren mahsus mutkhass yaşlar var. Diplomatiya öğrengen yaşlarımız var. Kanun öğrengen yaşlarımız var. Türlük sahalarda yetişip çıkan yaşlarımız var. Ait iktidarlık. Hemisi öz aldığı müstakil hareket kılış, faaliyet yapmış iktidar var yaşlarda. Bir yerde bu günden gün küçüvatkan, bir yerden çıkıvatkan, baş götürüvatkan yaşlar hareketini doğru bir yetekçi ideya boyunca bunu terakki kıldırışına ait mühim hem de. Doğru bir yetekçi ideya terakki kıldırış pek mühim. Olmasa bu mühim yaşlar hareketi de bazı sağlam bulunmayan bazı derslerine oturup çıkışık sebepli düşünün için bütün herkese yerlerden bozulup çıkan yaşlar nenki aktifleri bu kadar mahsus 11. ayınki 8. günden 10. günü geçe mahsus şu Germaniya yakın şehirde yığıldı. Yığılıp bu yaşta her xil karışık yaşlar var bunların içinde. Hemisi bir araya gelip yaşlar hareketinde bunun denki kandak hemkarlık içinde, koordinasyon içinde, kandak liniyede, kandak yetekçi ideya bilen, kandak siyasi telaffuz ile hepimizin çare tedbirlerini özlerimi müzakere kıldı. Hem Şarkı Türkistan Milli Kengesi'ye katlaşıvatkan bir adet ustazları var, çoğunları var. Bu çoğunlarının tecrübelerini anlaş imkaniyeti buldu. Onların yığınlarımızı katmıştı. Onların özlerimi ayrı müzakere yapardı. Bu şekilde biz yaşlarınki bu Dünya Uygur Yaşları'nın küçülüşlerini muş maksat uğurlaştırdık. Bu yerde nime deyişi demdi yaşlar asasen bu kündülük nime koyuldu mu ya ki şu yerde naq meydanda məsləhət işləğən gibi? Ya bu yaşlarınki hemisi özününki teklif layihələrini hazırlap kelivatıdı. Hemisininki öz aldığı hazırlayan teklif layihələri var. Bu teklif layihələrini oturup koydu ve birbirisininki teklif layihələri olan özünün qaraşlarını, düşüncelerini, toluqlu fikirlerini verdi. Onun için yaşlar hareketininki nezriyevi asasını bunun için yol haritesini şekillendirdi bula. Onun için yaşlar hareketini kandaktılık bu başka teşkilatlarla yani kandak maslaştırış, kandak hemkarlık işte yapışınki çare tedbirlerini tep çıktı ve bunun işini çünkü yaşlarımızın ait kısıtlarlık yaşlarımız var. Arkadaşlar eller faaliyet ettirvatkan ve altı oturup çıkan yaşlarımızın içinde inşallah bunun için bu Dünya Uygur Yaşları'nınki hemkarlık ve karındaşlık uçuşu bunun için yaşlar hareketinin tekimi şarkınıp, gülünüp, canlışlığa vesile oldu oylayın. Allah razı olsun. Onundan keyin bu balalarninki, o'smirlarning orasida bu istiqlol
Mustaqillik marshininki uzundan beri bu yodiltish musobaqa mukofotlik musobaqa o'rlashtirgan tanglar bu masalani bu qo'lga ilinadi. Albatta biz masalan shu namoyishdan keyin biz bayman deb o'tgandek Germaniyaning Myunxen shahrida, ya'ni qadimiy shahrda bir yurish bayqirman deb o'tgandek cho'ng uchrashlar, cho'ng siyosiy munbarlar bo'ldi endi. Shuning uchun biz bu faoliyatlarga umumiy jihatdan Germaniya Uyg'ur haftaligi deb ism qo'ydik. Bu faoliyatlarningki ichidami biz maxsus 11-oyninki 10-kuni kechda İstiqlal marşı müsabaqasiga qatnaşqanlarni mukofotlash natijaga erishganlarni mukofotlash murosimi o'tkazamiz. 22 davlatdan kelgan vakillar bilan birga ularning qatnashishi bilan siz bilasiz endi masalan dunyo qurultiyi xalqimizningki bo'lib yosh o'smirlarimizningki milliy tuyg'ularini vatan sevgisini oshirish maqsadida biz istiqlol marshi mukofoti chaqiriqini o'tirib qo'ygan tunji qitim o'tkazyapmiz buni. Buningga ko'plab davlatdan bo'libmi yosh o'smirlarimizni qizg'in ovoz qo'shdi buningga. Biz maxsus shuni bog'lash uchunmi bizning yozuvchilarimizdan, san'atkorlarimizdan, shoirlarimizdan, kompozityorlarimizdan tarkib topgan 12 kishilik bir bog'lash hay'ati qurgan. Bu bog'lash hay'atidan odillik bilan maxsus buni nomer qo'yish sistemasini ular güzel shaklda tuzib chiqdi va shu sistem bo'yicha bog'lab bugun bog'lash natijasini bugun oyoqlashtirdi. Biz buni xudoyim bo'lsa inshaalloh atlikka buning natijasini biz e'lon qilamiz va mukofotlash taqdish murosimi 11-oy 10-kuni kechda Germaniyada bo'ladi. Ham mukofotga erishgan o'smirlarimiz bor davlatlarda maxsus mukofot taqdish faoliyati ayrim yerlarda o'tkazildi. Allah razı olsun. Yani bu dünyanın her qaysi joylaridan qatıldı mı bunu? Qanchalik balla qatılgandi bu? Bunun 200'e yakın belki bunun da artıq olsa kerak 200'den artıq yosh o'smirlarimiz qatnashdi bununla. Biz bu qatim endi bu yil buni ikki kategoriya bo'yicha mukofotlashni ikki kategoriya bo'yicha birishni uygun ko'rdik. Birisi yakka kishilik, ya'ni biz kollektiv buningda 6 guruhni masalan yakka kishilikdan birinchidan 3-gacha uchinchilikka erishganlarni bugun bekitib chiqdik. Ve kollektiften birinchidan 3-gacha erishganlarni buni bekitib chiqdik. Buni oxirgi qatim yana bir talash tortish qilib, oxirgi qatim yana bir qaytib ko'zdan kechirib, ayatlikka muqimlashtirib inshaalloh natijasini e'lon qilamiz va buni har yili davomlashtiramiz. Kelar yili buning ko'lamini texmi kengaytiramiz, texmi zo'raytiramiz, texmi dog'dug'liq shaklda buni aplashtirishimiz. Albatta bu qatimqi musobaqa qatnashgan moyillarimiz masalan mayli ong jihatdan bo'lsin, mayli istiqlol marshining tekstil jihatdan bo'lsin, biraz farqli ba'zi musobaqa qatnashgan qarindoshlarimizning farzandlarimizning sungan asri biz kelayli buni masalan istiqlol marshining tekstini birlik keltiramiz, muzikasini birlik keltiramiz, uningki ongini birlik keltiramiz hamda bu qatim Sharq Turkiston Milliy Kengashi demo bu mesele muzokara qilindi. Masalan, Uyg'urlarning nopusini, Sharq Turkiston xalqining nopusini muhimlashtirish. Turli talaffuzlarda qo'llanayotganlar bor, 30 million, 35 million, 20 million, 25 million. Buni tashlash qilamiz. Mushu istiqlol marshininki tekstini muhimlashtirish. Bumi maxsus bu qatimki Sharq Turkiston Milliy Kengashida muzokara qilindi va uningki ongi ve onunki istiqlol marşı o'rlangan istiqlol marshini muqimlashtirish masalasini bu da muzokara talash tortish qilindi. Shunga bu bekitilib bo'lganki kelar yildan boshlab rasmiy o'lchamli shaklda mukofot sommasini biroz oshiramiz. Bu da endi ba'zi sabablar Yangi istiqlol marshi to'g'risida maslahat qilinadi. Efendim? Yangi istiqlol marshi, ya'ni yangi muzik, yangi marsh yangi muzik to'g'risida maslahat qilinamdi yoki buni biroz Yo'q. Masalan hozir ikki xil. Masalan biz dastlab buni hamma dunyo qurultiyi biz buritgan buni. Masalan biz dastlabki istiqlol marshini buritgan, uni biroz dutta tamburlar, yerlik sozlar o'rlangan, oz odam o'rlangan. Bu taz biroz jaronliq emas, deb undan keyin bu biroz haybatliroq maxsus orkestra
bilan o'rlangan bir nima hazırlaylı. Çünkü biz xalqaro siyasetçiler qo'yimiz doim xalqaro yig'inlarda emasdan buni qo'yimizda qo'yganda biroz nima bo'lsa deb maxsus dunyo uyg'ur politi bir qancha yil burun Qozog'istondan maxsus orkestra o'miga muzika o'miga ruslardan tashkil topgan muzika dağlıq muzika o'miga kiraldi ve Qozog'istondagi bir yerde bizning san'atkorlarimiz o'rinlagan maxsus istiqlol marshini bunu biz vurtup bunu bütün dünya teşkilatlarına emmisiga takip etken. Ama bu umumlaşmadı. Çünkü Garip dünyasındaki karindaşlarımız, Avrupa'daki, Amerika'daki, başka devletteki karindaşlarımızın köpüncesi bu orkestralarla uğurlangan istiqlal marşını bunu yığıllarda işiltiyordu. Ama Türkiye'deki bazı karindaşlarımız hazırlıkça yani başka devlettekiler burun kalıqı konu az kişi etken dutatabırla uğurlangan o şekilde qo'llanib kelyapti de bu ikki xil tekstimi talash tortish bor endi istiqlol marshining teksti dedimi bundan o'xshamagan qarashdikilar ba'zi deydi bu asliga sodiq bo'lishimiz kerak biroz o'zgartirilgan deydi bundan qaraydigan bo'lsak asosiy jihatdan o'xshash bo'lsinmi lekin qisman ba'zi yerlarda ba'zi jumlalarda farqlar bor shuni buni birlik keltirishimiz kerak bunu biz birlik keltirib kelayildan boshlab birlik kelgan bilan bu da yana moyillarimizningki istiqlol marshi mukofotida qatnashgan moyillarimizga qulay bo'lsin deb yana biz $1000 yaqin ayrim iqtisod hajlab Qozog'istondan maxsus orkestra o'miga kiralab ularga istiqlol marshining muzikasini ayrim bir shaklda shu nima qildik o'rlatqizib buni keltirib ham şu musobaqa qatnashgan moyillarga tashkilotlarimizga taqib berdik bunun muzika qismini ayrim muzika qismidan de albatta kelay yildan boshlab buni texmi dağdığılık şekilde keng doirada Uyg'urlar yashayotgan bütün ellarda keng doirada buni umumlashtiramiz ve bunu taki vatanimiz milliy mustaqilligini qo'lga keltirgani qadar izchil har yili davomlashtiramiz. Allah razı olsun. Albay mukofotning gapini qilyotgandilar. Söz boshqa yoqqa o'tib ketib qoldi. Bolalarning mukofot ishlari qanday o'rinlashdi? Albatta şu biz bekitgan o'lcham bor desakda birinchi, ikkinchi, uchinchi likka erishganlarga beradigan bu qatim biz oldi bilan shu musobaqaga qatnashgan bütün mayirlarga maxsus bütün mayirlarni biz istiqlol marshi mukofot medali bilan taqdirlaymiz ularga medal taqdimiz bu vaqtda maxsus medal burdik. Onundan keyin biz birinchidan uchinchigacha erishganlarni naqd pul bilan mukofotlaymiz. Naqd pul bilan mukofotlaymiz. Bu da albatta mukofotimiz biroz oz bo'lib qoldi. Inshaalloh buni oshiramiz albatta, oshirishimiz g'ayrat qilamiz. Shu shaklda bo'ldi. Natijaga erishganlarni ham naqd pul bilan ham medal bilan mukofotlaymiz. Ama natijaga erishamiz-mi? Shu chaqiriq ovoz qo'shib maxsus bu musobaqaga qatnashgan asar o'tgan bütün o'smirlarimizga, farzandlarimizga maxsus medal taqdim qilamiz. Yani o qanday qo'lga tekkizildi endi? Masalan, endi bu yerda texnik natija aniq bo'lmagandan keyin men davlatlarni demay, birinchilikka erishgan kollektivda masalan ular kelib mishakilib bu mukofotni topshirib olish kerakda. Ama başka devletde bo'lgani uchun viza oladigan davlatlarda unda bo'lgani uchun kelish imkoniyati yo'q. Shuning biz bu mukofotni biz shu davlatdan kelgan vakillar shaxslik vakillar shahar tashkilotlarniki mas'ullarga yetkazib beramiz medal bilan naqd pulni ular ashad murosim o'tkazib shu davlatda taqdirlaydi. Chunki biz bu da shu yig'inninki namoyishning tayyorliqlari bilan bu bağlashni vaqtida tugatamadik. Chunki nurg'un ishlar keyin bir-biri bilan parallel bo'lib qoldi. Bunun ait kuch ketadigan ishga Allah razı olsun bağlash aytadi qarindoshlarimiz qo'ldan kelgan g'ayratni qilib hammasi ishdan sidqi bu ishni qilib bugun oxirlashtirdi bağlashning natijasini shu shaklda bo'ldi mukofotlash shakli. Allah razı olsun. Hozirdan boshlab bu mukofotni biz bundan keyin masalan biz hozir birinchilikka erishgan kollektivga biz 1500 euro deb e'lon qilgan 1500 euro naqd pul bilan mukofotlaymiz deb buni oshirishga taklif berayotgan qarindoshlarimiz va iqtisodiyotimiz yordam beraylik oshiraylik miqdorini deyotgan
Bununkin inşallah biz bu yıl bu sınav tarakkısı oldu bu. Kilayıcıda bunun miktarını aşırımız bunun yardım verişki vədi vergen karındaşlarımız var. Çünkü bu yaş ösmürlerimizden milli duygularının müstakillik olan arzu isteklerini aşırışta nahayeti mühim bu İstiklal Marşı'nın mükafat tüzümeye. Bu tüzümünü çokum umumlaştırış gerek, çokum davamlaştırış gerek. Bunun kısacetini yardım verimizden vədi vergen karındaşlarımız var. Bu şu mükafat haqlılığı aralıqda davamlı qabul qilamsizlar yoki bu to'xtadimi? Yo'q, biz asar qabul qilishni tunagun bu yilliknikini 2018 yillikniki asar qabul qilish vaqtini tunagun oxirlashtirdik. Oxirgi asarni tunagun qabul qildik. Undan keyin bugun bağlashni bugun oxirlashtirdik. 2019 yilnikini Demişte azırdan başlayıp bütün dünya yaş ösmürlerimiz bunun tayarlıklısı oldu. Tayarlıklık eserini 2019 yılı birinci aydan başlayıp, birinci ayının birinci günden başlayıp yeni devamlık takdim kısa bulundu. Ama bir yarım en azdı 1,5 ming euro deysiz, 1,5 ming euro degan Türkiye'nin pulu hazır 10 ming TL olub kaldı. Şimdi biz şu 1500 euro bilen mükaffatlarımız bu inek hamdi. Ama bu pulunki şu miktarının iş biliş ihtimali mi var hamdi? Bunu mu bir esket koyuyor? Yani ama inek oğunu 1500 euro hamdi. Yani inek garantisi var 10 ming TL mükafat verisli yani. Berimiz yani şu bunu anlap yani başkadan yani cüretlenavatımen de. Yaxşı. Mesela aile bu yıl aile katlaşamadı. Mesela biz 3 kategoriya bu iştige. Şahslar, anamdaki aile kollektifte. Aile boyunca katlaşkanlar bu yıl yok, katlaşamadı. Çünkü vaktimiz biraz kısa olup kaldı, yeterlik vakit veremedik. Kilayıl 3 kategoriya bu iş bulundu. Şahs, kollektif ve aile bu işi. Biz kilayıl inşallah bununki miktarını en az bu vaxtın birincilik erişkenlerinin miktarını 5.000 euroga çıkarmakçıyız. İnşallah. Eğer 5.000 euroga çıkarsanız ben aile boyunca katlaşım. Bunu da parçalımız inşallah. Aslında halkımız bunu yadılaş lazımdı ve kalbimizge sığdırıp ötüşümüz lazımdı ama bizning o'rinliqimiz, bizningki bunun ko'ngil bo'lmasligimiz tufayli ba'zan namoyishlardimi gangirab qoldigan, yig'inlarda o'qiyanmay turib qoldigan avvalda ko'p yuz beryotdi. Inshaalloh. Eskiden başka milletlerin namoyishlarını gördük. İstiklal Marşı'nı okuyan vaqtda hammasi tam shu asos jihatda hamda hammasi yodga o'qiydi hamda billah. Ama biz yig'in açsak, sizin gördüğünüz şahit olduğunuz ko'pinchisi bo'lmasa bu uzun bir narsa emas. Ko'pinchimiz bunun tazı diqqat qilmaymiz. Bilmeyden gapni ochiqlik qilayli. Bu tazı muvaffaq bo'lmagan bir ish hamda bu İstiklal Marşımızını bir 30 kompleks narsa emas u. Unda bo'lgandan keyin buni bir cho'qim har bir qarindosh yodlashi kerak. İstiklal Marşımızmi bizningki ayni vaqtda Cumhuriyetimizning qanchalik bir jafoda, qanchalik bir fidokorlik bilan, qanchalik bir zo'r badallar bilan o'tirib kelganligimiz İstiklal Marşı'ndan ondan tasvirlangan. Buni cho'qim hammasi yapilishi kerak. Shu maqsadda biz bu İstiklal Marşı mükafat tüzümünü yol koyuşumuz maksatlarımızdan şu. Biri şu. Bütün Uygurlar içinde bunu umumlaştırış hem adam biladigan bir hal belki işte yani. Bunu yaşıyorsunuz. Allah razı olsun. Şu münasebet ile ben şu nimege nimeninki şu mükafatqa kuch chiqargan qarindoshlarımızga alayda rahmetimizni bildirmem şu ikram orqali İstiklal Marşı'nınki mükafat bergüchi bunga yordam qiluvchi qarindoshlarımızga. Allah razı olsun şu qarindoshlarımızdan. Xo'sh. Yani bu qitimliq yig'in jan va cho'ng namoyishimizdan keyin Milliy Sharq Turkiston Milliy Kengashi, undan keyin yoshlar hamkorlik uchrashish yig'ini, undan keyin İstiklal Marşı mükafat aliyeti bilen ahırlaşıdı degan söz. Elbette bular hamda nayt cho'ng projektlar, hamda nayt cho'ng nima deymiz, organizasyon deymiz buni. Bu nayt cho'ng mesela namoyish, bu nayt cho'ng bu qitimni nayt ko'p qarindoshlarimiz keladi, bir qancha ming qarindishimiz keladi buni. Nayt cho'ng bir ish. Bu namoyishning tayyorligini qilish nayt oson ish emas. Buni maxsus
Allah razı olsun. Maxsus tayyorlik komiteti kuruldu. Tayyorlik komitetidagi qarindoshlarimiz bütün kuchi bilan buni g'ayrat qildi. Har qaysi davlatdagi qarindoshlarimiz ovoz qo'shdi. Buning tayyorliqlari yaxshi olib berildi. Bu mınay çoğun işte. Onun kendinde namayışını tüketip hatta bazı qarindoshlarım shu darajada fidokor. Jabo tortdi haqiqatan. Masalan, biz yig'inninki yotug'ini 11 ayninki kilg'a vakillarning yotug'ini 11 ayning 6 kunidan boshlab biz ustimizga olamiz. Ama shu namoyish qatnashuvchilar nurg'un 100 ga yaqin qarindoshimiz Yevropaning sirtqi davlatlardan Germaniyaga keldi. Masalan, 11 ayning 5 kuni. Kelib 11 ayning 5 kuni Germaniyadagi qarindoshlar bilan birga Abduzlar, u bicharalar yana shu yo'l safardan kelib, kechda biz yotoq o'rlashtira olmaymiz. Kechda yana Abduzlar namoyishga berib, namoyishni tugatib, yana qaytib kelib, yarim kechda qaytib keladi, soat 2-3larda, 6-soat. Mushundaq ham fidokorlik ko'rsatib, Alloh razı olsun bu qarindoshlarimizdan. Bundan keyin bu nima janvaki vakillarimiz bor, janvaki namoyish qatnashib bo'lgandan keyin yana biz bilan birga 70-80-100 ga yaqin qarindoshimiz bor. Ular mashunda yarim kechada Germaniyaga keladi, yotoq o'rlashtirish bo'ladi. Buning tayyorlik xizmatlarini biz ayrim guruhlarni qo'ygan, masalan 5000 kishi namoyishga bu janvaki buyuk yurishga tayyorlik qilish tayyorlik komitetida bunga do'qinaysa qanday shaxsiy o'zi mas'ul bo'lgan. Undan keyin bu Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti qurdik. Bunun nurg'un qarindoshlarimiz bu fidokorlik ko'rsatgan tayyorlik xizmatida qatnashdi. Bunga men bizningki doktor Erkin Akram bilan men ikkimiz mas'ul bo'lgan. Yoshlar uçuruşu var. Onun bir tayyorlik komiteti var. Onun Samat efendim bilan Gayr Qurban inimiz. İkisi mas'ul bo'lgan. Istiqlol marshi mukofotininki maxsus tayyorlik guruhidan boshqa bağlash heyeti var. Bunun mas'ul qarindoshlarimiz var. Şu 4-5 tayyorlik komiteti, tayyorlik guruhlari o'zaro moslashib, buningki bütün tayyorlik xizmatini inshaalloh tugatdik asosiyatdan. Allah razı olsun. Bu qadimki Myunxen uçuruşu milletimizga foydali, xalqimizga foydali, milliy davoyimizga, milliy erkimizga foydali bir uçuruş bo'ldi deb Allah o'ylayman. razı olsun. Eng oxirida qarindoshlarimizga deydigan bir so'zlar bormi? Endi bu yerda men deb o'tdim. Bizning xalqimizdan haqiqatan faxrlanman men. O'zimning bir Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanman. Bizning xalqimizning fidokor xalq. Ko'rdingiz, bizning sonimiz unchalar jiq emas. G'arb dunyosiga hemen yig'ib kelsak 15 ming deylar, hamda 20 ming deylar. Unda sonimiz unda ko'p emas. Ko'pinchimiz hammamizdek birinchi avlodda g'arb dunyosida yashayotganlar, Yevropada yashayotganlar. Birinchi avlod. Bu birinchi avlod bo'lgandan keyin bu yerda bizning qarindoshlarimizning ko'pinchisining u iqtisodiy sharoit ish tutishib turganda puli yo'q. Iqtisodiyotda qiyinchilik ishda turayotgan qarindoshlarimiz bor. Shundoq turibmi bu qarindoshlarimiz yana zo'r fidokorlik bilan haqiqatan namoyishlarda bo'lsa, bu namoyishlarimiz yana bir namoyishga ish qilib, qarindoshlarimizning mutlaq ko'p qismi Sharq Turkiston milliy harakatiga, Xitoyga qarshi norozilik harakatlariga aktivlik bilan fidokorlik bilan qatnashib kelyotdi. Shuning uchun men bu yerda dunyo politikiniki bir Maurais instituti bilan bütün bu yerda xalqimga mujoratda yashayotgan bütün qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman, iftixorimni bildiraman. Allah razı olsun. Rahmet sizga ko'p rahmat. Vaqtdan vaqt chiqarib ishlayotgan do'stlarga kelib xalqimizga bir ma'lumot berish uchun, xalqning xizmati uchun bu bo'ladigan yig'in, ya'ni dunyo miqyosida eng cho'ng bir yig'in, hamda cho'ng bir tashkilotning yig'ini va albatta bu biz bir tashkilotniki chaqiriqni biz o'tirib qo'ydik, ammo bu yerda endi bu butun dunyodagi o'xshamagan qarashdagi, o'xshamagan fikrdagi tashkilotlar, shaxslar hammasi kelib yig'ildi bu yerga. Yig'ilib xalqimizning birligi, ozodligi g'oya maqsad qilgan holda bu yerda o'rtaq bir g'oya bilan, bir maqsad bilan to'planyapti. Soyibxonligini biz dunyo politika qildik, chaqiriqni biz o'tirib qo'ydik. Biz kutib olamiz. Bu yerda hammasi teng darajalik bu yerda. Bütün kelgan vakillarning hammasi aramaymiz, yuqori tuban mansub var, mansub yo'q deb. Hammamiz darajamiz o'xshash, hammamiz o'xshash daraja bilan, o'xshash salohiyat bilan, teng salohiyat bilan o'ltirib bu yerda chiroyli bu yerda xalqimizning taqdir masalasini o'rtaq bu yerda muzokara qilamiz. Endi namoyishmi bu yerda bir xalqimizningki milliy bir harakatdan
bu milliy bir hareket olduğu için bunu bütün teşkilatlar, ta ki bizim Maliyanımız, Milli Rehberimiz Rabia Hanım'dan tartip bütün teşkilatlar bununla mayli kurultay içinde olsun, sırtıda olsun bununla ait kızgınlıkla avaz koştu. Bununla karşı tutan bir teşkilat yok. Bunun karşı tutan bir siyasi faaliyet yok. Nait hemmisi bununla kızgınlıkla avaz koşuyordu. Manevi cihetten kollab kuvvetliyordu. Mana bu milli birlik, mana bu milli ruh, milli birlik deganlik faqat 6-7 teşkilatning bir yerga kelganligi emas. Bu shunda xalqimiz zo'r balay afat duch kelgan vaqtda, xalqimiz zo'r xavf duch kelgan vaqtida millatimizning umumiy manfaati uchun o'rtaq g'oya, o'rtaq maqsad uchun bir oraga kelalish, o'xshamagan qarashdagi, o'xshamagan dunyo qarashdagi, o'xshamagan tashkilotlarniki siyosiy faoliyatchilarimizning bir oraga kelishi. Mana bu milliy mas'uliyat tuyg'usi, mana bu haqiqiy birlik va ittifoqlik. Allah razı olsun. Özür köp rahmet. Yani bu bugünkü haftalık muhim haberler programımızda haber ve mülahize ve yani Erkin Ekrem efendim bilen onu ötkazgan bulduk. Onundan keyin sizlar bilan suhbat elib bağım bulduk. Onundan keyin bir qancha qarindoshlarimiz telefon qilgan bulduk. Her haftalık programımız mana shundoq 3-4 saat atrofida o'xshamagan fikrdagi kishilar bilan o'xshamagan temalarda, o'xshamagan mazmunlarda munozara, suhbat shundoq faoliyatlarni elib boramiz aziz qarindoshlar. Uning uchun programma uzrab ketdi, qisqarib ketdi degan narsa buningda bo'lmaydi. Televiziya shaklidagi bir programma elib beryapmiz. Özür köp rahmet sizin uzatib etgandan keyin bizningki Yahya Qarajim bilan ustoz Yahya Qarajim bilan bugungi yangi bir harakatimiz bo'lgan jadidizm harakati va dinimizni, islomimizni yangidan tonish degan birinchi darsimizni degan boshlaymiz. Inshaalloh o'zlarini yana bir qatimliq programmada taxmi yaxshi suhbatlar bilan ko'rishga intizorman inshaalloh. Rahmet, bütün ikra aldığındaki bütün kardeşlerimizle tekrar minnettarlığımla örüntümü bildirimen, özlerim köp fedakarlık gösterdiler. Tecelli efendim, özlerime kayıt rahmetimni, minnettarlığımla bildirmen. Bo'ladi, yana bir qatimliq programma ko'rishgacha omon bo'lsizlar, Allohga emanet. Allohga emanet. Aziz qarindoshlar, Allohning rahmati bilan programmamiz davom qilyotdi. Tövende biz Yahya Qarajim bilan bu dinimizga bo'lgan susluq, Parvardigorimizga bo'lgan susluq va bugungi diniy islomiy hayotimizdagi masalalarni tuzash uchun yangidan bir programma o'rinlashtirdik. Bugun birinchi darsimiz bo'ladi va bu darsimizningki mazmuni jadidizm, ya'ni yangi bir dinimizni, hayotimizni, imanimizni boshlash, Parvardigorimiz bilan yangidan tanishib chiqish, ibodatimiz bilan yangidan tanishib chiqish, namozimiz bilan yangidan tanishib chiqish, tavhidimiz bilan yangidan tanishib chiqish degandek bu masalalar ustida biz hurmatli Yahya Qarajim, ya'ni Yahya Mahsum bilan birga bugun biz suhbatimizni davom qilamiz aziz do'stlarim. Shunga hemen ekrandan ayrılmaslıklarını, bu fırsattan faydalanışlarını ümit qilma. Ben qarindoshlarni saqlatmasdan derhal Yahya Qarajimni ekranga taklif qilaman aziz qarindoshlar. Yaqindan beri bizning diniy da'vatlarimizda biroz chekinish bo'layotdi. Mayli klassik shaklda bo'lsin yoki davet usullarimizda bo'lsin, chekinish cho'ng bo'lganlik uchun biz bu o'zgartish uchun, bu holatni o'zgartish uchun dinimizni yangidan tanishtirishni o'ylashdik va yangidan bir da'vatni usulini o'tirib qo'yishni o'ylashib ustoz Yahya Mahsum bilan bugun suhbatimizning birinchisini boshlaymiz aziz qarindoshlar. Yahya Qarajim, ikramimiz xush keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. İkramimiz hoş geldiler. İkramni içmesine. Allah olsun. Rahmet. İkram rahmet endi içildi. Allah razı olsun. Biraz keyniga o'tirib qo'ysalar, taxmi yaxshi bo'ladi. Ama biraz qarong'iroq bo'ldi, shunday bo'lsinmi? Endi davom qilishga tirishimiz. Mavinki tuyuqsiz demisi köp kitip kaldı bayağı. Tamam, çata yok.
Degancha mushtaq bo'lib tursin, har ishda bir xayr bor. Buguncha mushundan boshqa yo'l qilolmay. Allah razı olsun. Her bir işinin bir hikmeti var. Hikmetini tushunmadik, dinni tushunmadik, ibadetini tushunmadik ve kelgan kunimiz bu, tatkan derdimiz bu. Bunundan qutulup chiqish uchun dinimizni yangidan qo'lga ilishimiz, yangidan tushunishimiz, Parvardigorimizni yangidan tonib chiqishimiz uchun o'zlari bilan uzundan beri maslahatlashib, jadidizm harakatimizning beshi bo'lgan Rabbimizni yangidan tonib chiqish, tavhidimizni yangidan yangilash, tonib chiqish degan bu darslik, bu da'vat ustida maslahatlashib bugun birinchisini boshlash oldi turyapmiz. Men so'zni o'zlariga beraman. Bizning bugungi bundan keyingi suhbatimiz asosan o'zaro o'rtaq suhbat bo'ladi. Muxbirlik va yoki ziyorat shaklida bo'lmaydi, chunki da'vatimizni texim jonliq elib berish uchun talash tortish, munozara, savol javob shaklida davom qilamiz. Bundan keyingi darslarimiz inshaalloh haftada bir qitim Rabbimizni yangidan tonish degan bu qism bilan bir qancha darsga o'rinlashtirgandan keyin andan keyin shariat va ibodat va islom va siyosiy ijtimoiy taraflarga kirkitamiz. Xo'sh, uning uchun so'zlarni bölüşüm mumkin. Sizlar mening so'zimni bölüp asli bo'ldi. Qandaq qarindoshlarimizninki savollari bo'lsa, naq maydonga telefon qilsa bo'ldi. Diniy masalalar tushunmagan, ibodat masalalari yoki tavhidiy masalalarda tushunmagan masalalar bo'lsa, o'tirib qo'ysa bo'ldi. Ammo darsimiz bugun, ya'ni bu qitimliq darslarimiz tavhiddan boshlanganligi, payg'ambarimizning dastlabki hayotidan boshlanganligi bo'lganligi uchun darsga munosabatlik masalalarda savol so'rasanglar naq maydonda ustoz Yahya Mahsumninki javobi bilan biz suhbatimizni sizlar bilan birlikda aziz qarindoshlar uxlamayli davom qilamiz. Jasoratli bo'layli. Eng muhim masala kelganda qochib ketmaylikki, din bizning hayotimiz edi. Biz buni tashlab etdik, shuning bilan hayotimiz abjash bo'ldi, hayotimiz ma'nosiz bo'ldi, hayotimiz qadrsiz, ta'msiz bo'layotdi. Buni o'zgartirishimiz kerak. Qanday qilib qilayli? Bu hayotni o'zgartirishimiz lozim va bu hayotni o'zgartiradigan bir metodga, bir yo'lga, bir tariqatga, ya'ni bir ideologiyaga, bir to'g'ri siratul mustaqim bo'lgan mustahkam tutquga esilishimiz lozim. Albatta buni Alloh ko'rsatgan hech qanday bir insonninki diniy jihatda o'zininki shaxsiy mustaqil o'tirg'a yasab qo'ygan narsa bo'lmaydi. Faqat Allohninki bizlarga tushirib bergan kitobi Qur'on va Rasulullohning sunnati orqali insonlarga bu yo'lni ko'rsatishga tirishimiz aziz qarindoshlar. So'zni o'zlariga beraman. Ya'ni nima uchun biz bugun maslahatlashib dinimizni yangidan tonimoqchi bo'lib qoldik? Ya'ni buningki sabablaridan kirayli masalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bizlar emas her qanday bir kişilerde kavimlerde uyg'unish, yengilish bu hayotninki taqozosi. İman bunun içinde en mühim yanılış gerek olan ve devamlık yeni hayatının yeni takazzası asasen imanımız ve özümüzdeki düşüncelerimizni doğrulap devamlık hayatının yeni hadisler, yeni şeyler, yeni vakialar, yeni real muhitler, bu muhit kandak muhit buluştuğun katı nazar siyasi muhit olsun ve ictimai ve başka hayatınki bugün günde devir şunda tez terakki qilyapti. Şununla layık bunun cevabını biz özümüzün akidesi imanı boyunca cevabını vaqtida bererge vaqtimizda onun hadisler katta kaymık qilish, turib qilish yoki bo'lmasa hadislarga xato inkosli bo'lish degandan iborat bu ahvollardan qutulib oldi. Butun bizningki hayotimizning hamma qismiga Estağfirullah kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike lehu ve bizalika umirtu ve ana evvelul muslimin diyen bu ayet-i kerimdeki mezmun boyunca olganda bizim Müslümanın hayatının hem yeri
Müslümanın hayatı ibadet ve Müslümanın hayatı akide, Müslümanın hayatının hemmisi Allah'ın dinide kösleyen bununla hayatının hem kısmına nispeten cevapla hazır. Ama bunu biz kitablardan tepip her birini öz joyiga turmuşumuzun koygan sualları meselelerge öz joyiga tepiş meselesi ulamalarning ahli ilmlarning shuningdek har bir musulmonniki o'ziga davomli bu vaqtda iymonini yangilash va yangi savollarga, yangi hadislarga, yangi shaylarga o'zining aqidasi, iymoni bo'yicha javobini tepib shu bo'yicha, shu javobning taqozosi bo'yicha menish bu hayotning zaruriyati, tabiiy bir ahvol. Shuning uchun biz yangilaymiz deymiz. Shuning uchun davomli yangilashga ehtiyoj shuda. Bu cho'ng ko'lamda, cho'ng shaklda bo'lganda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda ko'rsatilgandek har 100 yilda bir qatim alayda cho'ng yangilishlar bo'lishi, yangilg'uchi asr bo'lgich yangilg'uchilar maydonga keladi. Ama bu meydana kelishdan burun her bir kişi her gün, her seher, her saat degandek bugungi kunda taraqqiyot tezligi bo'yicha davomli hadislarga o'zining aqidasi, tushunchasi bo'yicha javobini tepishi zarur. Bo'lmasa, cho'qim uning xato inkosda, xato muomalada, xato hayotda xato qaymoqishlar yoki javobini topolmay, shuning bilan bu ruhiy jihatdagi besimlar ve onun başka çok hatalıklar kelib chiqishi mumkin. Onun birincisi aqida. Bizningki aqida degan so'zning o'zimizda islomda hozir aqida deb ataymiz. Aslida tarixiy olimlarimizningki buni aqida demak iymon, kitoblar, sunnat rasulullohda kelgan qo'llanma so'z al-iymon. Hamda keyingi davlat olimlarimizningki va yozgan kitoblarda aqida degan nom bilan bu İslam dinindeki dünya, ahiret karışı, bütün kıymet karışı degandek bizdeki bütün fikir, ruhi dünyamızda, fikir dünyamızda, akıl dünyamızda, kalbimizde doğru şekilde doğru yönelişke, doğru nişanga, doğru şekilde kurallandırılan bir bilim bu. Allah tarafından gelen asası ve özümüzün tırışalık göğsüyle ilgileniyor. Bu davamlı bunu yangilab turish zaruriyati boyligimizdek bizningki musulmonlik hayotimizning taqozosi. Ya'ni bu yangilanish bizda tarixda aynı zamanda ustoz Abduqodir Damulla hojimninki zamonida bir yangilanish bo'ldi. Jadidizm harakati shu yerda chiqdi va chet eldagi universitet diniy o'qishlarni ko'rgandan keyin vatanimiz Sharq Turkistonga kelib shu yerdagi bu kona o'qitish usullariga qarshi bir islohot harakati ilib borgan edi. Afsus u yerda shahid qilingan bo'ldi. Bu yer uningdan keyin ustozimiz Abduqodir Damulla vafot qilingan, ya'ni shahid qilingandan keyin uning ruhi, uning ilib borgan xizmati o'chmadi. Buguncha nurg'un yangilanishlar bo'lib turdi. Xalqimizda dinimizni yangidan tonish yoki diniy darsliklar bo'lsin, mayli başka dersliklerini ügünüş, matematik, algebra, başka fenni meselelerde ilgirleş meselesinde o alimimizden kendinden mağan bulduk. Biz neymiş için bugünkü günde bunu yani kayıtıdan ortaya taşlamak çok kaldık. Yani bu 80. yıldan keyinki kıyırındaşlarımız, ya 70 ile 80 aralıkta tuğulgan sıl bizden yaşlarımızdaki kıyırındaşlarda bu hareket bulunmadı mı? Bununki varislik şekli buldu mu bulunmadı mı? Elbette bu tarihten bir yanılış var degandek tarihi ustazlarımızınki evlat mevlat bu yanılış devamlı İslam uygunu hareketi depmi dünyada halklarda Sahvatul İslamiye, İslami uygunu hareketi devamlı bop kelayotgan bunun içinde bizim Şarkı Türkistan'daki alaydı bunun peşvaları var degandek Abduqodir Damulla, Musa Jarullah onun keyingi ahirgi ustozlarimiz Abdullah Hakim Maqsum Ajim, onun başka bir ismini sanab bo'lolmagan nurg'un yosh olimlarimiz va nurg'un kishilar var. Ama bu yetarli bo'lish bo'lmaslik masalasi albatta biz Abduqodirlar bilan davrdimi bir millat bir qatmal bir holatga
kelib qolganligini, buningda eng asosiy narsa ma'rif va oqartish, kishilarning bilim saviyasini yangilash, o'qish metodini yangilash va hamma mushlardan boshlamasa bo'lmaydiganligini his qilib, shu yerdan boshlab aqida sohasida xalqninki shu tarafdan boshlab yangilab qilgan. Amaliyotda tutmagan bo'lsa-mu, lekin bir uchqunni butun xalqning ichiga keyingilar uni bosmaydigan bir uchqunni, bir yo'lni, chiroqni yiqib bergan. Shuning bilan o'zi uning mevasini ko'rsin yoki ko'msin, xalq uning mevasini albatta bunday cho'ng bir yangilashninki vaqt ketadi uningga. Bu bir tarafdan aytganda ma'rif sohasiga bir inqilob. Bunda bir inqilobning mevasini ko'rish vaqt ketadi. Islom uyg'unish harakati boshqa dunyoda musulmonlarningki mana shunday hozirgacha 70-80 yillik tarixga davomlashyotdi. Uyg'unish va bunda yengilish harakatlari har bir yengilishning oldida bir shunday turg'un holat, shuning ehtiyoj tushgan bir qaymin qo'sh, shunga o'xshash bir do'qmish kelganda cho'qim bu yengilish ehtiyoj tushganligini hamma odam his qiladi. Buni kutadi hamma tarafdan. Biz hozir ham bunga loyiq odamlarni kutganidek bu darajada qila olamizmi? Bu Alloh subhanahu va taoloning muvaffaqiyati va bu deb o'ylamaymiz, ammo ma'lum bir yangilikni hozirgi holatimizda bizningki yaqinqi zamondagi uyg'onishimiz tez uyg'ondik haqiqatan. Uyg'ur musulmonlari uyg'ondi, Uyg'ur xalqi uyg'ondi, o'ziningki shu vaqtdagi Abduqodir domlam davlat boshlagan anasining natijalariga o'xshab keladigan nurg'un harakatlar bo'ldi. Chet ellarda hozir hamda nimani hijrat qildik dedik. Undan keyin ishlarimiz nayta bir xil oldimizda inshaalloh aniq ketib qolgan vaqtimizda bugungi kunda hozir xalqimizga beshil kelgan ig'ir biroqlam bu xafaliklar hozir hammamizda chorasiz degan bir narsaga chorasiz biz qanday qilamiz degan narsani hammalar izlanyapti. Buni chorasini izlayapti. Demak, bir chora izlash degan o'zi bir yo'l, oxirgi bir xalq ko'chi bir yerga to'silgan bir yerga kelib to'xtadiki, bir yo'l ichish, yangi bir burun o'tkazgan yengilish tegishlik beshidan orqamizga bir qarash kerak bo'lgan bir nuqta bor. Shu vaqtda Abduqodir domlam davrida mana shunga o'xshash millatninki yo'l qorong'u oxirisi qayoqqa minishni bilmay qaymoq qoldi, chiroq yoqdi. Bugungi kunda yana biz yana bir uyg'unishga, yana bir yengilishga ehtiyojli bo'layotgan, garchi buning har xil choralarni, har xil tadbirlarni o'tirib qo'yib izlanayotgan bo'lsak-mi, biz buning bir kasbimizni qo'shishga tirishimiz deb o'ylaymiz. Buningda yanlam shu tarixiy ajdodlarimizning ayni vaqtida boshlagan fikr va aqida shu mavzu yanlam muhim ekanligini, bugungi kunda shu holat kelishimizda bizning aqida tasavvurlarimiz bo'lmi? Aqida masalasida aqida tasavvuri ve aqidimiz nazariy jihatda bo'lgan amaliy hayotimizga aylanmaslik tufaylidan bizda hozirgacha iddimiz azat bo'lsa qalbimiz azat bo'lmaydigan nurg'un ahvollar, hayotimizga aylanmaydigan o'lgan narsamiz. Bu sababdan bizningki ishlarimiz ittifoqsizlik, har xil omillar birlik chaqirimiz. Bu birlik tavhid asosida emas. Shuning bilan bu birlik bo'lmayotgan, ummatning ochqa yeriga bo'lmay, aksicha yomon ta'sir bo'layotgan. Bu endi bu shu nuqta bo'lma hozirgi tavhid bilan tavhidul kalima bilan tavhid masalasi. Tavhidul kalima degan so'z arab tilida birlik, ittifoqlik bilan tavhidning munosabati. Müslümanlarda, yalnız bizim Uygur Müslümanlarda emas, bütün İslam tarixida İslam alimleri intayin az bo'lgan, intayin favqulodda yetilgan alimlardan boshqa ko'pincha kishilar Müslümanlarni birligini saqlaymiz degan asosda tavhidni qurbon qilib turib, birligini saqlaydigan bu ish
Davamlaşıp artık bugünkü günde Müslümanlar bu kriz geldi. Bu noktadan bizdenki yenilaş diyen nersimiz Allah subhanahu ta'ala'nın tonuş, tevhid-i rububiyye, uluhiyye, asma ve sıfatlarının nezriye cihetini pek tanımıyoruz ama tevhid kelimesi bilen bizim real hayatımızda bununki ifadelenişi, bu siyaset ve şu noktalarda buna çok hatalıkla ümmetin beşiğini çıkartan devamlı İslam ümmeti şu tevhid devrine eslaydı ama esli ekilenmeyen halatda yaşayatımız. Bugün günde buna eğri ahval yetken. Bunun içinde en eğri ahvalga duş kelgen şu İslam ümmetinin bir parçası olan Uygur Müslümanlar. İslam ümmetinki korugan temirge okşaş rol oynayotgan bu halk bugün korugan yıkılışka hazır bizim beşimizge kelyapti ama başkalar bu korugan yıkılsa başka halklar, başka Müslümanların beşigime bu ahval her türlü kelyapti ama lekin bizdinki onun hemen eğerdemiz ameliyatı eğer hakikaten. Bu korugan keldigini başta kilo demdi. Her qanday yerde korugan yıkılsa qalgan kilo degan. Şu an bu bizdinki bugün günde yenilaş yoki yo'l etish to'g'risidagi izlanishimizdagi nuqtalari yani bu bizdeki cedidizm bu yenilik hareketi yani dinimizni yeniden tonuş özümüzni, insanlığımızı, ahlakımızı, imanımızı yani her taraftan bir bu hayat bilen bağlanıp ketken bu yenilik hareketi ninki başlanışı yani bu tevhidden başlandı yoki sizlar abay degan aqideden başlandı desek bo'ladimi? Shuna deb. Albatta har qanday vaqtida insonning harakati har qanday insonning hatto hayvonotning harakati oldi bilan fikr tafakkurdan boshlandi. Hareketning beshi fikr tafakkur bo'lg'achqa ashadin ish o'ng'ishalmasa ya xato bo'lsa fikr tafakkurninki zavoti bo'lgan uni ishlab chiqilgan to'g'ri ishlab chiqilgan zavot bo'lgan qalblar tefekkür insanınki an sistemisi, an kurulması ne şekillendiğin bu iman akide, dünya tasavvuru, akide tasavvuru doğru bulmasa onun işlep çıkan fikir yöneliş mi hata olur diye. Hata olan ki hata fikirden çıkan hareket mi hata onun yığılgan neticesi ahırda bu hatalıkların neticesi yığılıp milletini, ümmetini muşunda ilgili kriziste girip takılan gibi bu vaxtıda qaytib murojaat qilishga o'zimizning asli manbasi bo'lgan vahiy manbasimizga murojaat qilish orqali bir xatoliklarni o'tkazgan nada zot ishning masalanki ochqish yeri buni da yana boshdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnati va burunqi jadidchilik yo'lidagi ustozlarninki boshlagan va undan boshqa bizningki Abdülkadir Damlam o'sha peshvolardan boshqami islom dunyosidagi barliq uyg'unish harakatlariga asosan muvaffaqiyatli bo'lish boshlan shu aqida, fikr, ideya anqurilmasini yangilash bilan bo'ldi. Bu bir tabiiy ahvol desak bo'ldi. Shunday qilish kerak. Ya'ni islomdan boshqa bir botil yo'llarniki boshqa millatlarning yo'nalishini asosan shu nuqtadan boshlaydi. Yani biz bu programımız arkalık, bu davetimiz arkalık yani yeniden bir dini ideolojiye, dini fikir yoki Allah Kur'an ve hadiste yani Peygamber hadiste gösterken, Allah Kur'an'da gösterken bunu biz halkımızga tanıtmakçı mı yoki unda qo'ygan halkımızdan neçe vaqtdan bir tanıvatkan bir dini ilmi Allah'ın tanışı, namazın tanışı, özün tanışı bu hatameti degan bir mesele chiqdi. Bu to'g'risi kichikgina kirayli bu meselega. Xato yo'lda ketdikmi biz? Albatta bu yerda xato to'g'rilik masalasidan bekrak buni to'g'ri atmoqchi bo'lsak, buni yangilash degan ekanmiz. Burunqi tushunchalarda zamonning taqozzosiga mos kelmagan qattiqlashib qolgan yerlar bo'ldi. Uni yangilash kerak degan gap. Yangilash degan ma'nosi shu. Boya oldi deganimizdek sababini ko'rsatgan vaqtimiz deganimizdek. Shuning uchun Abduqodir Damlam shu vaqtda yengildi. Nimani yengildi? Ko'ni qiliplashib qolgan an'anaviy taqlidiy arabcha esa din islomni tushunish tasavvurlarni yangilaydigan bir sistemini o'tirib chiqadi. Bugungi kunda hozir bizning
bir qism ustozlarimiz, bir qism qarindoshlarimiz ummatning, millatning, qavmning birligini saqlashimiz kerak degan narsa bilan ya'ni shu ko'ngil qalbdan chiqmaslikni tashabbus qildi. Yangi bir narsa chiqsa, ummat bo'linib ketadi ya unda bunda degandi. Bu yalnız bizniki ulamalarımızdan emas, bütün tarixda bu narsa bu bugünkü kunda bir qism mutafakkirlarimizning xulosasini bu yerda naql qilsak, islom olim dunyosidagi musulmonlarning tarixida Siffin urushi deb qo'ygan bir urush bo'lgan. Shu tarix shundan boshlab toki hozir mush Arab bahor deb atalgan yaqinning o'zi Arab xalqi musulmonlarning o'tirishiga qo'zg'alishi bo'lganlikda bütün musulmonlarning ulamalar shu ittifoqsizlikni buzmaslik asosida o'zining huquqini voz kechishga tashabbus qilgan. Ustidagi zolim har xil zulm qiluvchi zulmlarga sabr qilishni tashabbus qilib, buningga qarshi chiqqan vaqtida bu jamiyatda cho'ng eg'ir oqibat keldi. Ammo bu keyingi xalq bu hozir kelganda buningki ziynini favqulodda xalq ularning gapini anglamay chiqadigan darajaga yetgan. Chiqdi. Gerçi tek akıllaşmagan bolsa-mı, hozircha mag'lubiyat ko'rinishda ko'rinayotgan bolsa-mı, lekin bu uzun davomlashida deydi mutafakkirlarning. Demakchi bo'lgan gap nima deganda, bu davomliq biz ko'ni narsani shunda tutivaga ostida uningga yengilashdan qo'rqqan vaqtimizda bu oxir yig'ilib qo'p qilolmagan narsaga aylandi. Bugungi kunda bu bir misal tarixdan bugungi kunda bizning Uyg'ur musulmonlarining mana shunda eg'ir ahvolda hozir yengillashga fikr qilishini, ko'ngli qalbni buzib, yangi zamonga hozirgi davrning ehtiyojiga mos kelgan holatda o'zining aqidasini, tushunchalarini, tasavvurini yengilishi lozimligini taqozo qildi hozirgi vaziyat. Bo'lmasa, ya'ni biz hozirgi bu nima uchun biz ojiz kelyapmiz, nima uchun biz bu ilgileyematımız. Hatta her kandak saadikiler hazır. Mağarip saadikisi olsun, bu başka saadikiler olsun. Hemmisi bir xil nima alet kep kaldı. Bir xil turgun aletke, bir xil katımal alet kep kaldı. Bu katımallıkını çokum aldı bilen yana şu fikir katımallığı neçe vaxtımızdaki fikirdeki kemçilik hazır zamanı maske. Kelenmegerlik, ülgiremegerlik. Yani hazır terakkiyat pek tiz bo'lganlikdan ulguramaganlik qator narsalarga asos turib biz bu yerda xatolik bo'ladi albatta ushoqchak ammo yengilib ko'nlik shaklda yengillash berish lozim. Allah razı olsun. Yani aziz qarindoshlar, biz bugundan e'tibori bilan shu suhbatdan boshlab biz jadidizm harakatining varislari shaklida dinimizni yangidan tonib chiqishga tirishimiz, Rabbimizni yangidan tonib chiqishga tirishimiz, namozimizni yangidan tonib chiqishga tirishimiz, hayotimizni, nikohimizni, oilamizni, axloqimizni, iymonimizni yangidan tonib chiqishga tirishimiz. Onun uchun bugun bu yerda bir kirish suhbati bo'layotdi. Vaqt oz qoldi. Bu vaqtimizning yerimida biz biroz temaga o'tamiz. Men so'zni yana Yahya Mahsum Qarajimga beraman. Bu yeni jadidizm varislarining ilib bordigan yeni dinimizni, shariatimizni, islomimizni, iymonimizni, Rabbimizni tonib chiqish harakatida biz ishni nereden boshlaymiz qarajim? Şimdi birinci İslam'daki özü şu kelime, şehadet kelimesi, la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi ki ruhi bo'lgan birinci erkinlik, hürlük, azatlık degan bu hukmlarning ki mazmuni o'ziga yig'inchoqlagan barliq har qanday bizni besib turgan hozir fikri jihatdagi qalbimizdagi, ruhimizdagi barliq mush besib turgan bizni kontrol qilgan boshqa Allah subhanahu wa ta'ala inkar qilishni buyurgan narsalarni hamma inkar qilib, erkin, azodi bo'lishdan boshlaymiz. Birinchi erkinlik. La ilahe illallahning erkinlik asosida bo'lmasa, uningki sharti shu ekanligini tonishdan boshlaymiz. Erkin bo'lmasa, oldidan har qanday bir bizni Allohdan boshqa kontrol qilib olgan kontrol qiluvchining
bu kontrol qilguvchi bizning nafsi havo havasimiz bo'lsin yoki bizning xato fikrlarimiz bo'lsin yoki u kontrol qilguvchi sirtqi shayton iblis bo'lsin yoki uningki dajjallar bo'lsin yoki tog'utlar bo'lsin dunyodagi moddiy va ma'naviy bizni kontrol qilayotgan Allohdan boshqa kontrol qilguvchilarning hammasining kontrol qilishdan ozod bo'lish yerdan boshlaymiz bu vaqtda la ilaha illallohninki shahodatning birinchi bizning musulmonlik darvozamiz bo'lgan shahodat kalimasini shu erkinlik ma'nosidan boshlasak bugungi kundagi bizning nurg'un turg'un holatlarimizga tepilmagan savollarga javob va yo'llarimizga chiroq nur oldigan javoblar chiqadi. Allohu a'lam. Ya'ni naq mushu masala mushundan qutulolmaganligimiz uchun mushu zanjirdan, ya'ni qulluq zanjiri mayli Xitoy kafirlarininki, kommunistlarninki ideologiya zanjiri, qo'rqitish zanjiri, bu asorat, bu asmila va bu mustamlika zanjiridan qutulib chiqolmaganligimiz uchun Allohni tonishimizdimi bizni boshqa bir zanjir bog'lab turdi ekan bizning-chu. Ya'ni Allohdan bekrak boshqadan qo'rqadigan bir narsa hozirgacha masalan mavjud bugungi 2018-yil 11-oyda 10-oyda bo'layotgan shu holatlardami nurg'un insonlar musulmon deymiz-yu, ammo Xitoydan qo'rqash kayfiyati ya'ni nisbiy bizda %50, balki %60. Bu chet elda turibmi Xitoydan qo'rqadigan, vatan turib masalan ba'zi sababiy masalalar to'g'risida qo'rqsak bo'ladi. Qo'rqmasligimiz kerak-da, ammo u yerda bir bano topa olaydik. Ammo chet elda hech qanday bir bano yo'q Xitoydan qo'rqmaslikqa. Ammo ma'lum banolarni tepib Xitoyga qarshi chiqolmaydigan yoki bu harakat qatnashmaydigan mushundaq bir o'zimizning diniga qarshi bir fikrda yashayotimiz. Bo'labmi din o'qiganlarning ichidan bu masala ig'ir hamda. Bir inson o'z din o'qib turib La ilahe illallohdan iborat bu erkinlik chaqiriqiga ovoz qatanmay dinni da'vo qilib, Qur'onni da'vo qilib, sunnatni da'vo qilib insonlarning kommunizmning, ateizmning va yoki boshqa sistemlarning va boshqa ideologiyalarning zanjiridan chiqolmasligiga nisbatan sizlar qanday qarayli? Ya'ni bu u odamning qalbida iymon bor deb tonimdik uni. Endi bu qo'rqish tuyg'usi insonningki qalbi amal qilib deb qo'yamiz arabchada qalb amallari doirasidagi bir amal insonning qalbining amali. Bu qalb isloh bo'lmasa bu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislaridan ba'zi hadislarning mazmun degandek o'qigan narsamiz yelimizdan tövanga o'tmaydi. Ya'ni galning tövanga o'tmaydi degan gap beshimiz tarafda idimiz kallimizda butun narsalar to'g'ri tushunchalar bo'lgan bilan u amaliy hayotimizga aylanish uchun qalbimizda his tuyg'ularimizga insonningki ko'pincha insonni harakat keltiradigan ya'ni ko'pincha dunyoda insonlarning ko'pi his tuyg'usi asosida hissiyot asosida harakat qiladi. Bu shuning uchunmi insonningki bu qalbi nihoyatda muhim, qalbni asrash, qalbiga ishlash, qalbni tarbiya qilish bu bek cho'ng tashabbus qilingan hadis rasululloh bo'lsin, Qur'oni Karim bo'lsin. İnsonningki a'zolarining ichida bosh podshoning o'rnida misol qilingan bir a'zo insonning qalbi. Shu qalb isloh bo'lmagandan keyin o to'g'rini bilsakmi uni amal qilolmaydigan ahvol kelib chiqadi. İnsonningki fidokorligi bir narsadan voz kechishi yoki bir narsaga bog'lanishi sevgi, muhabbet, nefret tuyg'ularidan boshlanib qo'rqish, qo'rqmasliklarni ana shu sevgi, muhabbet tuyg'usi bilan nefret tuyg'usi. Shuning uchun la ilaha illalloh kalimasiningki yanada tip manbasi mushaga berib taqildi. İnsonningki do'st dushmanlik maydoniga islom dinining tip yıldızı shu la ilaha illalloh kalimasiningki ifodalaydigan haqiqiy ma'nosimi erkinlik meselesimi insonningki qo'rqinch meselesimi shu muhabbet nefret tuyg'usi qalbninki isloh shu tuyg'usining sog'lom bo'lishiga bog'liq masala. Shuning uchun bizda ko'pincha hatto diniy jihatda yuqori saviyasi bor kishilardami bu amaliy hayotda
əməllәşdirəməyənligi, hətta Allah yolu körəş qılma, qurallıq körəşlər qılma deyib qaladımı? Nəhayət vəhşi hadisələrin sadir oluşu, istili əxlaq cəhətdən özünə yarmaz işlərin boluşu, nima denilsə qalb bilan bo'lgan qalbning isloh bo'lmaganligi va nafs bilan bo'lgan kurashda mag'lub bo'lganligini ko'rsatadi. Allah razı olsun. Bizden yani 20 minutla vaktimiz var. Bugün şu bir temanın içine kirkitip vaktimizni şununla berip bunun ikinci kıtamlık dersimizde, sohbetimizde yani başka meselelerge ötsek buludu. Ben sözünü asasen sizlerge belsem bugün eğer Rabbimizni yanıdan tanış degen bu sözünü bu ekranga yazgandım. Eğer biz bu cedidizm hareketimizni La ilahe illallah'tan başlaydigan bolsak bu to'g'risi bir tayyorlik qilib kelgan bo'lsa buni so'zni sizlarga beraman. Bo'lmasa boshqa masalaga o'tamiz. La ilahe illallah to'g'risida hozir siz bilan dialog savol javob shaklida deyilayotgan shu boydidoq erkinlik insonning ozod ideyasini ozod qilish birinchisi ideyamizdagi Qur'on sistemimizdan to'g'rilash kitobida sunnat rasululloh va hozirgi zamon taqozosi tasavvurimizga uyg'un holatda nurg'un şeylarni. Şunun qatorida qalbimizni isloh qilish, ya'ni insonning miyasi va qalbi. Teng isloh bo'lmasa bo'lmaydiganligini bugungi so'zimizni xulosalamizki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bu ikki shahodatning birinchi la ilaha illallahdan boshlaylik. Bu la ilaha illalloh kalimasiningki shartlari o'tirib qo'ygan ikki tashqi shartlari bo'lib, bu shartlarningki birincisi şu فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Bu ayet keriminki 5'idir okusak Sure Bakara suresinde Allah Subhanahu wa Taala La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minel gay فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bu ayet kerimde Allah Subhanahu wa Taala estağfirullah dingi mecburlaş yok. Bu İslam dininde dinninki hakiki bir adamın imanının sağlam oluş için mecburlaş yani erkin, ihtiyari oluş gerek. Birincisi bu adam erkin, ihtiyari kanaat bilen tallışı, meniş gerek. İddisini ötüşülen emez, muhabbet bilen, söygüsüyle meniş gerek. La ikraha fid din qad tabayyana rushdu minel gay. Yani hatalık bilen doğru, iniq bayan qilib berildi bu yerda. Hemen yekfur bir tağut. Ondan keyin bu adam başlaş yolun beşini buldu. Tağut yani haddidin aşkçılarını inkar kılış. Haddidin aşkçı kim o haddidin aşkçı tağut diyen? Bu tağutun tonuş ve bu yerde tağutun beşi insanın ki Allah Subhanahu wa Taala şu Kur'an-ı Kerim'de birinci katım düşüren 5 ayetin keyin bir ayet kilidu. İkra suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş düşken 5 ayet olup onun keyin kilgan kella innel insana la yatgha er-ra'ahu istaghna deb kildi. Bu kella innel insana la yatgha insonninki karakterini ko'rsatgan bu oyatda insonning ruhiy mijoz karakterini. İnsan bihacet olgan, özünü hiç narsadan qo'rqmaydigan, boy his qilgan, erkin his qilgan holatda bu tajovuzsiz haddini ishga boshlaydi. Şunun için bir taraftan erkin buluş, tağutlardan erkin bulsak yani bir taraftan özümüzdeki haddini eşip ketmeslik için Allah Subhanahu wa Taala'nınki ağamsızlığa yani bir noktada Allah'a iman keltiriş bir yerde bizden en erkinlikten birden bir çıkış doğru yolu. Şunun için femen yekfur bit tağutlarını yani haddini eşip başkalarınınki özüge okşaş başka mahluklara tajavuz qilgan, uning haq-huquqiga haddini tajavuz qilib, uningga hujum qilgan, uning haqqini ilib olgan, besib olgan, buni inkor qilish lozim birinchi. Ikkinchisi, faman yakfur bit-tağut. Buni qilsa degan so'z arab tilida tağutni inkor qilsa, uning kafir bo'lsa deganning ma'nosi shart, ya'ni bu shart bo'lsa, undan keyin ikkinchisi Allohga iymon keltirsa va yu'min billah. Allah'a işense doğru şekilde bu vakıda bu fakat istemseke bil urvatil vuska. Anındaki müstahkem tutma yani la ilahe illallah'ın tutkan bulur bu adam. La ilahe illallah ise doğru bulgan bulur. Yani la ilahe illallah diyen bir adam zulümge karşı
va insonlar zulm qilayotgan shu kuchlarni inkor qila oladigan, zulm qarshi tura oladigan bir iymonga kelalisa avval. Tushunami? O emri hareketi Tağutni inkor qila olsa. emri hareketide o tecavüzçülük özünün nefsi bo'lgan bo'lsa mesela. İnsanın öz nefsi bo'lgan bo'lsa, bu yerda tajovuz qilishga bo'lmaydigan bir chegara belgilab berilgan chegara var. Bu chegarani tonish albatta. Bu insonning o'ziga belgilab bergan chegaralar ala inna himallahi maharimuh degan payg'ambarimizningki Allohning chegaralari va Alloh cheklagan narsalar dedi. Yani şu chegaralarni tonish zarur albatta. Bu chegaralarda inson o'zining chegarasi va boshqalarningki chegarasi. Yani her bir inson o'zining chegarasini bilish bilan birga boshqalarningki huquq majburiyatlaridagi chek chegaralarni bilgan vaqtida o'zining qalbi shu qalbning ichida erkin ozoda yani ondan keyin erkinlik erishadi. Bo'lmasa bu vaqtda cho'qim erkinlikning ma'nosi qolmaydi. Demak, tağutni inkor qila oladigan iymon va shuningdek tağutni amaliy inkor qilsa. Ya'ni cho'qim uni da iymon degan bu narsa amaliy harakatni talab qildi. Shunga ahli sunna va jamoaning sog'lom aqidada iymonning ta'birini al-iymanu qawlun va amal yazidu bit-ta'ati va yanqusu bil-ma'siyah deb tushundirdi. Bizning tarixda ham bu tushuntirishimiz, iymon tushuntirishimizdimi? Hozirgacha bu nurg'un bizning tariximizda biz hozir yangilamoqchi bo'lgan yangi tushuncha degan narsamizning nuqtalaridan birisi shu. Iymonni faqat so'zlash va qalbdagi tasdiqlash bilan yig'inchoqlab qo'yishdan iborat. Bu xatolikniki bizning turmushimizda ifodalangan sababi biz hozir iymon degan narsa faqat e'tiqodimizda qalbimizda bo'lsa bo'ladigan qalbdagi yig'inchoqlab qo'ygan amaliy harakatimiz yo'q. Ammo ahli sunna va jamoaning va kitoblar sunnat rasullarniki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning iymon 70 necha yoki ham bir hadisda 60 necha tarmoqqa bo'lindi. Uning 5 la ilaha illalloh oyog'i eng tövini yo'ldan birlab tutlashgan narsani elib o'tish bo'lgan amal iboratning. Buning ichida hayo alohida bir iymonning tarmog'i deb ko'rsatgan amaliy harakatlarni iymon deb ko'rsatgan hadislar aniq tusma biz uni amalni iymonning doirasidan chiqarib o'tadigan shunday bir tushunchalar tarqalgan iymon to'g'risida. Shuning uchun bu yerda bizningki amal iborat hech qanday bir tağut qarshi, zolim qarshi harakat qilmasakmi, biz musulmon bo'laveramiz yoki iymonimiz bilan zolimga qarshi turishni o'tirsa munosabat yo'qdek bo'lib qolgan musulmonligimizdagi bu xil mushu nuqtaga biz mushu xatolikqa tuzitish berishimiz, buni yengilishimiz lozim. Yani iymon amal bilan bog'langan degan bir masala chiqdi. Bu yani bugungi iymonimizni yengilishni cho'qim amal bo'lmasa u iymon bo'lolmaydi. Tağutni inkor qilish, zolimga qarshi turilmasa bu iymon bo'lolmaydi. Hatto u shu iymon o'zining iymonlik sifatidimi iymon bo'lolmaydi. Keyingi vaqtimizda bu vaqtning o'tishi bilan bugungi kunda bizning vatanimiz yuz berayotgandek bu iymonni amaliy harakatga aylantirib olmaydigan ahvol maydonga keladi shundan. Zolimga qarshi turish, ya'ni tağutni inkor qilish, undan ozod bo'lish, ya'ni Allohning va yu'min billah Allohga ishonishdan burun Allohning sevgisi, Allohning muhabbati, Allohdan qo'rqishdan iborat bu narsani qalbga kirgizishdan burun boshqa narsalardan qo'rqmaydigan, boshqa narsalardan sevgi, boshqa narsalarni yaxshi ko'rgan sevgi muhabbatlarimizda qalbimizdan Allah subhanahu wa ta'ala'nın muhabbetinden yuqurib ketgan narsalarni chiqarib tövanga tushirishimiz lozim, buni tanishirish lozim. Yani Allah'ın peygamberinin muhabbeti her qanday uni yaxshi ko'rishda har qanday narsani yuqori yaxshi ko'ramagan odam mo'min bo'lamaydi deb Rasululloh aniqtirgan hadislarda aniq bor bu narsa va muhabbat Qur'oni Karimda va minan nas man yattaxidu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Bu ayet kerimdeki Allah subhanahu wa ta'ala insanların içinde Allah'tan başka Allah'a o'xshash bir narsani yaxshi ko'rib, Allohga teng darajada bir narsani yaxshi ko'rdi Alloh va andadan degan kelima tengdosh shaklda Allohga tengdosh qiladi. Nimada desa, muhabbatda, sevgida, uni yaxshi ko'rishda. İnsonning qalbidagi intilishi nimaga intilsa muhabbatga intilishi. Shuning inson bo'ysunda, shuning uchun boshqa narsalarni qurbon qila oladi. Va Allohningki tağutni inkor qilmagan vaqtida
tağutga qarşı zalim qarşı tutumga vaqtida Allah'a bo'lgan bu muhabbeti tağutga bo'lgan nafrat tutumga vaqtida bu muhabbeti qabul olmaydi Allah'ın adı. Şu bir yerde aldı bilen nefret, tağutun nefretleniş, tağutun inkar qilish kelgan. Bunu da bugungi bu suhbatimizda avval bir odam musulmon bo'lish uchun la ilaha illalloh degan bu so'zni qilish, ya'ni Allohdan beg'ayri har qanday narsani avval supurib tashlash, o'zining qalbiga o'rnab olgan ilohiy sifatini va yoki hokimiyat sifatini va yoki uningga qo'rqib beradigan har qanday bir kuchni avval supurib tashlatib, Allohdinla qo'rqish, Allohni bilish, Allohni iloh deb e'tirof qilish ve bunu ikinci bir mesele amalga bog'lash. Ya'ni qalbimda men Allohni bilaman go, Allohni dedim go deb qo'ymasdan, chunki mush masalani kichikgina ochimiz 5-10 minut vaqt ichida xalqimizda bunday qiliq nimba. Men qalbimizda bo'lsa bo'ldi-ku deydigan bir masala bor. Bugun biz buni inkor qildik bu suhbatimizda. Ya'ni Allohni qalbida tunib qo'yishning o'zi ahl-sunnah vel jamoaning aqidasi emas degan gap chiqdi bu yerda. Yani bütün kamil bir Allah'ın tanışığı ilip bağmaydı. Fakat Allah'ını tanış emeli bilen buludu. Yani bir adam ben Allah'ın bendisi diyenken çokum bu namaz okuydu. Şeriatın hükmüge emel kılıdı ve o la ilahe illallah diyen sözge emel kılıdı. Yani Allah'tan başka hiç nesden korkmaydı. Yani hakik erkinlik çıkıdı. Onun dinkin o Allah'ınki mümin bendisinin katarıga, yani Müslüman bulaş kadimege yıkıllaşkan boludu diyen bu iki meseleni bugün kısıkça bir yerde aydınlaştırgan olduk. Demek ki namaz okuştun Muhammed'in burun demek yerde Allah başka hiç kandan eski boya gitmeydiğen ama Allah'ı boya geçtin burun hiç kandan eski boya gitmeydiğen ruhu gibi oluşu. Bunun için ne mi gerek oldu diyende yani bir noktada hem de eğer bunu bek müşünçülük aydınlaştırsak mı hazır hele yetidu kişilerge düşüncelik bunun kağına bizim 9 minut vaktimiz var. 4 minut 5 minutdan keyin bir qarindishimiz savol yozibdi. Shuning savoliga javob bersizlar bo'ladi inshaalloh. 9 minutdan keyin Facebook shirkati avtomatik bizningki suhbatimizni taqaydi uning uchun. Endi bu yerda yana bir nuqta, eng haqiqiy nuqta biz tağutni inkar qilish uchun tağut degan narsani zolim, haddidan oshuvchi zo'ravonlarni inkor qilish uchun bularning tonish kerak. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytgandek, Fatiha suresinde Kur'an'ın mukaddimisinde aytgandek, bularninki Kur'an-ı Kerim bizge bütünley buna kapılan tanıştırdı. Şunu da Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ve kezalike nufassilul ayat ve litestabina sabilul mujrimin degan bu ibara arqılıq, bu talimat arqılıq biz sizlarga shuningdek oyatlarimizning tafsiliy ko'z bayon qilamiz. Boshqa narsalarni tafsiliy bayon qilmasak, bu mujrim, jinoyatchi, yani tağutlarınki cinayetçilerin yollarını sizlerge bayan kıpırışta ayetlerini tefsili gösterildi. Yani Kur'an-ı Kerim'in köp kısmı da bunun bu şu tağutlarınki karakterini, ulanın türlerini, ulanı bizge sür Fatiha'dan başlayıp bütün insaniyetine nek meydandaki cemiyetine operasyon kılıp Allah Subhanahu wa Taala inam kıgallah, Allah inam kıgallah ve enondikin Allah'ın laneti güçünden mağdubi aleyhim enondikin veled dallin Allah'ınki Allah'ın yolunda toğurmağınlıgan azgullar. Bu şu üçünün birincisi biz tileydiğen hidayet toğuru yol tileydiğen yani biz onların yoluna şuların sipine kirişini tileydiğen biz izleydiğen yenilaştı şuların yoluna kirsek yenilgan bulumuz. İkincisi Allah'ın laneti güçürüğallah. Olar toğurunu bilip durup mağmaydiğen ya da nurgun haddidini açtıgan tağutların bir türleri var. Yani birisi azgın izip ketkenler başkalarının azgın özü azgan. Bularni mishadi başlap Allah Teala muşunda ayırgan bolsa kafir Müslüman ya Allah'ın ki nimetiga erişken, nimetiga erişmegen, hidayetiga erişken, erişmegen degenden başlap hidayetga erişmegenlerin işkiga, hidayet inam kılan birge bölüp ta ki Bekara suresinden Kur'an'ı başlap bularni tefsir, bularning karakteri, ruhi keyfiyatı, süpetleri başlaydı. Demek biz meselede yani bir ikinci qetimliq dersimizde, sohbetimizde yana davomlashtiraylik. Mush la ilaha illalloh meselesini yana xalqimiz taxmi uchuq tushunib olsin. Bu yerda bir savol tushibdi. Agar a so'zlar qetib qo'ydigan
sözleri bop kalsa 1 minut vaktimiz var. Fakat şunu xulosalayayım, bir yerde yana bir dersimizde, yana bir qatim söhbetimizde davamlaştırırız. Yani bu tağutni inkar qilish degan gap, faqat men tağutni inkar qilib deb og'zimizni deb qo'yish amaliyotimizni inkar qilamiz aytganmiz. Uningki dunyodagi tağutlarni bilish va uni inkar qilish uchun, uni qarshi harakat qilish uchun ularni bilishi, qarshi harakat qilishimiz zarur. Biz hozir deyotgan narsamiz tağutni inkar qilish deganda faqat nazariya jihatdan men inkar qilaman deb qo'yish emas. Ameliyatı inkar qilishimiz kerakdir. Ameliyatı inkar qilish uchun tağutninki Qur'on Karim ko'rsatgan yo'l bilan uni inkar qilish, ularni tonish va ular qarshi harakat qilish lozim. Bo'lmasa, tağut qarshi harakat bo'lmasa, bu vaqtda demak bu yerda iymonimizga oxirsida daxli yeydigan tağutni tonmay og'zimiz deb qo'yib, amaliyatimizda harakat qilmagan uning qarshi. Bu to'g'risida bizniki bundan keyin inshaalloh merkezleştirip qilishning qanday bo'lganligini, tağutni qanday qilsak inkar qilgan bo'lamiz degan savolga bundan keyin inshaalloh javoblarni izlaymiz. Yani merkezleştirip e'tiqod vaqtida şu Xitoyning zulmiga qarshi harakat qilmay men Allohni taniyman degan odamningki iymonida bu yerda iymonni amalga bog'lash masalasida masala ko'rildi degan gap chiqdi. Xo'sh. Ma'lum bir qavmda deydi bir qarindishimiz Abduqahar Nabi degan qarindishimiz ma'lum bir qavmda bir qism insonlar Alloh yo'lidan chiqsa qolgan Alloh yo'lida menayotgan mo'minlarning ular bilan azob duchor bo'lishini qanday tushunamiz debdi. 3 minut vaqtimiz bor. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning taqdir, bizning iymonimizning 6-qismi bo'lgan taqdirninki qonuniyatlardan bir qonuniyat. Yani taqdir qonuniyati to'g'risida bundan keyin to'xtalamiz. Taqdir qonuniyati Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda Estağfirullah ve taqu fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa ve alemu ennallaha şedidul iqab degan oyat karimda Allah'ınki o'zining taqdir qonuniyati, o'zining tutgan sunnatlari, ya'ni muomala qilish usullaridan birini ko'rsatib, sizlarning ichingizda nodon, zolimlik qilganlarga xos kelib to'xtab qolmaydigan, hammaga umumiy kelgan fitna, ya'ni azob, uqubatdan hazar aylanglar. U Allohning azobi qattiq degan bu oyat karimda zulm faqat jazo faqat zulm qilganlarga ham kelib to'xtamaydigan bir bu dunyoning qonuniyatlaridan birisi. Biz agar zolim qarshi turishda o'zimizningki naq ish qilayotganlarni, zulm qilayotganlarni faqat bizga bizning ichimizdagi naq ish qilayotganlarni, shuning uchun hozirning o'zida Xitoy kafirlarga va undan boshqa kafirlarga biz masalan undan qutulamiz aytganmiz, o'zimizning ichidagi zulmga qarshi turishimiz kerak. Bo'lmasa ularning ömrünü, üstümüzdeki zalimning ömrünü, tağutning ömrünü, üstümüzdeki kafirning ömrünü uzatib qo'yamiz. Undan bizning üstümüz turish vaqtini uzatib o'tamiz. O'zimizdagi zulmga qarshi turishimiz, o zalim hamon halok bo'ladi. Bu Allohninki taqdiridagi qonuniyat, u yo'qoladi hamon. Bizning qo'limizda yo'qolsa, boshqa sabablar yo'qolsa Alloh yo'qdir, ammo bizningki uning qo'lidan qutulishimiz bizning o'zimizda ularga o'xshab qoladigan zulm xarakteri bo'lmasligi lozim bo'ldi. Shuning uchun o'zimizning ichidagi zolimlik qilganlarga kelib ham to'xtamay, ya'ni bugungi kundagidek butun kichik bola, ayol, cho'ng, qari, yosh, yaxshi, eski hammasi o'rtaq kelgan kafirning qo'lida qirg'in qilishga duch kelyapti xalq. Buni uch narsani nazar aylanglar deydi Alloh taolo. Allah razı olsun, bu savolga yana kelar qitimliq suhbatimizda yana qaytilab taqmi kang doirada javob bersak deb o'ylayman. Yahya Qarojim. Vaqtimiz chunki to'shda avtomatik aslında biroz uzun paranglashishimiz kerak edi, ammo bugun shunday bo'lib qoldi. Bundan bir Allohning hikmati bor. Chunki Facebook shirkati faqat 4 soat vaqt berdi, hozir 3 soat 58 minut bo'ldi. Oxirida buni qaytib qo'yadigan so'zlar bormi? Bunun qarindoshlarning so'ragan savollari yaxshi savollar, shu bizningki kimimizga munosabatlik, hozirgi ahvolimizga munosabatlik tağutga inkar qilish, tağutni tonish, uning qarshi harakat qilish dedik boya. Bunun qarshi harakatning ichida o'zimizning ichidagi zulmga, o'zimizda adolat sufini barpo qilish, o'zimizning o'zaro bisimizga yuz bergan, o'zimizning bizga kichik ko'rinayotgan, ammo Allohning nazarida ular cho'ng hisoblanadigan nurg'un ishlar va o'tirishimizda yuz berayotgan har xil naqshchiliklar, zulmlar yuz berdi, bisimizdan haqiqatga tajovuz qildi. Bu ishlarni tugutish,
Doğrusunda razı olsun. inşallah bunun için cevabını kenarek izlenişimiz mümkün. Tepsili atıp durup nurgun derslerini. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga vaqtlarini aldık. İnşallah sualı bor qarindoshlar qoldirib qo'ysanglar tema ostiga. Buningdan keyingi suhbatimizga ustoz Yahya Mahsum va yoki men davomli javob berishga tirishimiz. Bugun jadidizm varislari nomida Rabbimizni yangidan tonish, islomimizni yangidan tonish, dinimizni yangidan tonish haqida tunji qitimliq suhbatimiz bo'ldi. Bu suhbatning oyoqi davomlashadi ve mükemmellişidi ve bu hareketleşidi inşallah. Bununla qiziqqan, bu hareketning keyindan mangmoqchi bo'lgan, buni bilib chiqmoqchi bo'lgan, tonimoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz davomli darsimizda quliqanlar bo'lsa bo'ladi inşallah. Undan so'ng o'zlari ko'p rahmat. Men suhbatni oyoqlashtirishga majburman. Yana bir qitimliq programmada ko'rishga. Allah razı olsun emelendin. Qarindoshlarım Allah Taala o'zi asr sonamizda. Ahir davana elhamdülillah.